Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bütün dünyada programmalarımızı izleş üçün ikramımız kelgen aziz qarindoshlar. Bugün yana programımız devam kılıvadıdı. Bizimki tunji qitimliq bu ikramımız kelgen mehmonlarimizdan Yaponiyada yaşayotgan Doktor Turmamet Hashim efendim ve Amerika Virginiyada yaşayotgan bizimki yazgıcımız, şairimiz. Onundan başka bugünkü siyasi ünvanı boğan Şarkı Türkistan sürgün hükümetininki Taşqı İşler Ministri Ablacan Leylnaman efendimni biz ikramımıza teklif kıldık. Bugün bu iki akimiz bilen, qarindishimiz bilen bugün bizni zorlayotgan bu krizisden çıkış için bugün hemmeylerinin ortak şekilde Xitoy zulmüge karşı bu yolda birleşişimiz, bu yolda beraber hizmet edip berişimiz için muhim boğan meselelerini, muhim boğan hizmetlerini bu yerde naq meydanda, işkiramda halkımız bilen ortaklaşımız. Ben sözüne hemen Turmamet Hashim Efendi'ye birime bulanınki kılıvatkan hizmetleri, iş izleri, hazır hizmet orullarını birazdan keyin ben tanıştırıp ötüme çünkü texniklik meselesiga qarshim lazım. Bizningki ikramimizda programmamiz davom qilyapti, qanday qilyapti bu menga aniq bo'lishi kerak. U oraliqcha Turmamet Hashim Efendi'ni o'zini qisqacha tanishtirib o'tishga men taklif qilaman. Marhamat. Assalomu alaykum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik Hüseyin Efendi. Aldı bilen meni muşu söhbetingizge taklif qilganingiz uchun ko'p rahmat. Muşu ekran orqali bütün dünyadaki barliq Şarkı Türkistan qarindoshlarımga Yaponiya Tokyodan Ramazanlık salomini yollayman. Hem özüm Milli Rahbarimiz Rabia Kadirxonninki Yaponiya Asiya turist vakil bo'lishim bilan Milli Rahbarimiz Rabia Kadirxonimga salomini yollayman. Assalomu alaykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Wa alaykum assalom. Yani sizler özlerinin kısaca bir tarihi. Ablacan efendime salam. Bizga konumuz efendimlerimiz konumuz. Hoş oldum görüşlerine, hoş oldum. Rahmet. Sizler özlerinin kısaca bir okuş tarihlerini, yani bu doktorluk bizning xalqimizning ishidamda eng, yani dünyada desek bo'ladi, eng yuqori unvonlarning birisi, yani doktorluk yetish uchun nurg'un o'qish bir tarihi lazım. Buni xalqimiz bilib olsa ayt yaxshi bo'ldi. Şuna bu o'qish tarixlarini bir o'zlarining qisqacha tarixini qayerdan ne tug'ilgan uni bir xalqimiz bilib kelsin ayt yaxshi. Rahmat. Men o'zim Şarkı Türkistanning Böğürtala o'lkasidan bo'laman. 81-yili Beijing Yezigilik Üniversitesiga o'qishga berib, 85-yili o'qishni bitirib, vatanimiz Şarkı Türkistanninki Yezigilik Üniversitesiga o'qituvchilik keldim. 85-yili. 9 yıl o'qituvchi bo'lgandan keyin 1994-yili o'qishga Yaponiyaga chiqdim. 94-yildan 99-yilga 5 yil masterlik va doktorlik o'qib, 99-yilda 3-yil doktorlik unvonini oldim. 1997-yili G'o'lji qonli qirg'inchilikqa yuz bergan chog'da shu Amerikadagi Ablacan Leylnaman efendimlerimiz birlik akbağlap Aksaray'ın aldığı çıkan çağda ben ayette bir şokking oldum da nimo kattık çöğüçüdüm. Şunun bilan bu bizninki bu Uyg'urlar ne kadar Xitoy tarafidan shunday qonliq qirg'inchilik qilganlik ekanligini tunib yetib shu ishqini nafratim qo'zg'ab bu ahvolni shu vaqtdagi men o'qiyotgan Kyushu universitetida Yaponiyada davomli bir universitetning birisi u. Shu Kyushu universitetiga munosabatli o'qituvchilarga, andan keyin ba'zi bir tashkilotlarga so'zlab nima qildimda. Shundan keyin ham amaliyotda men shu davoni bilan boshladim deb hisoblayman. Hem shundan keyin 99-yil 3-yilda unvonni oldim. Aslida qaytib ketish planim bordi. Lekin 97-yilda bu qonli qirg'inchilikni u yerda so'zlagandan keyin qaytib ketishdan ansirdim.
Şundan keyin Yaponiyada qolib qoldim. Hozir hisoblasak, shu Yaponiyada qolib qolganimga shu 20 necha yil ketdi. Vatan qaytmadim. Hozir ishlayotgan xizmat o'rinlarini uqib Kasbim dehqonchilik. Dehqonchilik agronomlik kasbidan doktorlik unvonini olgandim. Shunga hozir men bir dehqonchilik maydonida injener bo'lib ishlayapman. Qo'shimcha andim bu milliy da'vo ishlarini uzun yil ketdi, Yaponiyada elib beryapman. Chet eldagi bizning dehqon doktorimiz Turmamat Hashim desak bo'ladimi? Dehqon doktorimiz shu tanqamizdir. Bo'ladi, rahmat. Yana ilerlegan vaqtlarda sizlar bilan yana sizning boshqa xizmatlarini so'rab o'taman. Endi so'zni men nimaga beraman? Ablajon Leyl-Naman efendimiga beraman. Ayni zamanda xalqaro ko'chmanlar ish bajarish o'rnininki idora boshlig'i hozir. Ve onundan başka siyasi mahpuslarını qo'g'dash fondi jamiyatining raisi. Bu to'g'risida men bir savol so'rayman, chunki siyasi mahpuslar masalasi bizda bugun hozir Sharq Turkiston xalqining hammasi siyasi mahpus deyishga bo'ladi. Hozir mush ikkiramda o'tag'anlarimizmi ham Xitoyning ko'zida shunday sanalamiz. Ya'ni qochib ketgan siyasi mahpuslar biz. Ya'ni Xitoy siyosatiga qarshi chiqqanligimiz uchun. Uningdan boshqa Sharq Turkiston sürgün hukumatiningki tashqi ishlar ministri. Bundan başka Amerika'da kanunshunoslik ve xalqaro kishilik huquq magistrligini olgan qanunshunos, ya'ni bugungi bizning xalqarodagi bir qancha qanunshunoslarimiz bor. O'tganda bir qancha shaxslarimizni ya'ni Nuri Turkiyal qatorliq shaxslarni ishtirokga keldik. Ya'ni qonun o'qiyotgan shaxslarimizdan bir qanchasi, ya'ni bu bizning Sharq Turkiston Uyg'ur davosiningki milliy davoyimizning ait muhim rol o'ynaydigan shaxslar deb o'ylayman. Endi o'zlariga so'zni bersam, o'zlarini qisqacha qayerda tug'ilgan va yoki chet elga qachon chiqqan masalalarda bir tanishtirib o'tgan bo'lsin. Rahmat ukam. Sizlar sol tarafga 2 sm surilib qo'ysa solga. Bo'ldi. Rahmat ukam, oldi bilan bugun siz orqali shu fursatdan foydalanib ekran oldidagi barliq qarindoshlarimiz bilan ko'rishganligimizdan intayin sevindim. Hem ularga shu mübarek ro'za oylarida o'zimning salomimni yo'llayman. Shuna bilan birga uzun yillik do'stimiz Turmamat Hashim bilan biz 97-yilda abay o'zligandek biz ko'rishib o'tgan. Bugün 100 lirani ko'rishganligimdan to'liq sevindim. Endi ben o'zimni tutsam, mening ismim Ablajon, familiyam Naman, ama keyin kunlarda men ismimni Ablajon Leyl-Naman o'zgartgan. Chunki opamning ismi Leylaxon. Shunday yozishliqda shug'ulga vaqtlarimda haqlar o'zlariga har xil taxalluslarni qo'yib bir narsalarni yozdi ekan. Men nima opamning ismini qassam bo'lmagan deb men Ablajon Leyl-Naman qilib o'zgartib olgan. Shunga biz chiqadanlarga bu Leyl-Naman deb anlandi buni. Sebebi bu. Yani şunda çıraylık taxallusken bu. Şunda güzel taxallus. Apamның ismi bilan rahmat ukam. Men G'ulji shahriga joylashgan shu Xitoyning ayni vaqtdagi generali Wang Junning shu askardan chekingan oilalarni bir yerga o'rlashtirib, bir tarafdan dehqonchilik qilish, bir tarafdan qurol ishlatish orqali bu Xitoy o'zining hokimiyatini qo'llash uchun qurgan ishlab chiqarish qurilish benkdan deydi buni. Endi bizcha ishlab chiqarish qurilish korpus deymiz. Shu yerda tug'ilgan men. Bu G'ulji shahriga joylashgan bizning 14-diviziyonning bosh shtabi G'ulji shahrida turdi, ammo men Qo'rg'on viloyatidan 18 kilometr yiroqdagi Ko'ktala deydigan yani nurg'un tijorat qilgan qarindoshlarimiz biladi, shu Qozog'iston tarafdagi chegaraga Qo'rg'on daryosining bo'yida tug'ilib o'sganlar. 82-yil to'liq maktabda bitirdim. Undan keyin men bitirib bilan talab bo'yicha o'qituvchilik qildim. O'qituvchilik qilgan mazalimda bir tarafdan kichigimdan o'zim havas qilgan bu yoziqchilik bilan shug'ullanib keldim. Ham bir tarafdan qo'shimcha advokatlik ishi bilan shug'ullandim. Undan keyin men 89-yilda 4-diviziyaning moliya iqtisod idorasining Xitoylar SAMMO'si deb maslahatchi bo'lib ishladim. Ondan keyin bu mening advokatlik qilish ishlarimni taraqqiy qilib, endi beni bu Xitoylar mening kichik so'z qobiliyatim bo'lganligi uchun bu sotlarda sal yuzabr etib
xalq ichida azroq ovozlarim chiqib boshlagandan keyin bular ansirab meni darhol Ürümchiga o'qishga o'tib 90-yildan 94-yilgacha men Ürümchidagi shu siyosiy qonun maxsus siyosiy qonun kasbida o'qidim. Undan keyin men qaytib chiqqandan keyin bu sotda uzun ishlash to'g'ri to'g'ri kelmay men bu sotdan chiqish iltimosini sungandan keyin ular meni 4-diviziyaning tashqi ishlar ishki tashqi savdo shirkatining bosh direktori qilib ketdi. Shu munosabat bilan 2 yillik bir yeşil pasport qilib Xitoydan Qozog'istonga bir xizmat bilan chiqqandan keyin men dunyoda turklarning o'zining qurgan bir davlati va Turkiya. Men bir turk bo'lish bilan shularning bir davlatni ko'rib kelgan havas bilan 10 kunlik berib kelay deb ular shu yerga bir erkin Altekin boshliq rahmat Arslan Altekin inisi bilan tanıştırış bilan tuyuqsizlar biz Amerika hukumatına chaqiriq bilan 96-yil 7-chi ayning 25-chi kunida Amerikaning Kongressga Uyg'ur masalasini tunji qitim anglatish uchun Germaniyadan kendisimiz tarat yo'rg'ash, men erkin kendisi tercüman bo'lib Amerikaga yetib keldim. Demak, shu kundan tortib yoki bugungacha Amerikada yashayapman endi. Burun biz pek yangilik, pek ozlik qarindoshlarimizni ko'paytirish uchun hammamiz qo'limizdan kelishi kuchlidir. Ham bizmi abaysiz degandek Sidiq Hajim Rabiya xonimning yo'ldoshi Adamjon aka yana amerikalik Jack Chorchwood Bill Mitchell deydigan bir necha odamlarning yordam bilan biz tunji qitim tekil makan inson huquqlarini qo'g'dash fond jamiyatini qurib biz abaytin Turmamat og'inimiz degandek dalalarimizga oqpoqlab kongressning oldida tunji qitim 97-yil 2-oyning 5-kundagi Volju vakasının karşı namayişini kongresine aldık, ötküzdük. Demek, hazırlıkça hem de öğretmenimiz milletin için çıkışıp gitemesek mi? Yana sırtkını çıkıp gitmeyi, kolumuzdan kilise tırışıyoruz, bu yetmeydi ama hıcıl olumuz bir ağızga ağırdak bir millet için çoğu çıkıp bilemdik ki sizden bir yere çağırtıp bizi sözlet gidek. İşte bir abroyumuzun kıralığın üstüne rahmet. Elbette Allah razı olsun. Bu chet elde dava qilayotgan burun mangan ustozlar, mangan yo'lboshchilar, liderlar, shaxslar hammasini xalqimiz unutib qolmaydi. Faqatla bu davoda oyoqqacha shu tajribaliklar tajribasini o'rgatsa yoshlarga. Bu xizmatninki oyig'ini maros qilib qo'ya olsa shu cho'ng bir masala umi. Buning uchun har bir qilgan so'zinglar, qadaminglar, qilgan xizmatinglarni inshaalloh bu dunyoda millat unutib qolmaydi. U dunyoda Alloh onun ecrini berdi. Eğer doğru bir hizmet, doğru bir yol tutup mangallı bolsa her qanday shaxsga inşallah onun ecri keldi. Xo'sh, biz hemen mavzuga kirib ketsek, hozircha mushunchalik tonib turayli. Mening ma chirig'im sal qolib qoldi, men chirig'imni bir o'chirib olay. Shunda aldirashchilikda sizning ismni ekranga yozishga ulgurmadim. Meyli bir so'zni sizlarga bergandan keyin ismni men ekranga yozaman inshaalloh. Xo'sh. Ya'ni so'zni men Turmamat Hashim efendimga bersam, ya'ni Yaponiya qandaq bir davlat deb bu savolni so'rashdan burun Yapon millati qandaq bir millat deganga men qisqa javob berishni xohlayman. Xalqimizning biroz tushunib olsin Yaponlarni. Chunki ayni zamonda bizning ota-bobolarimiz borgan u yerda ulardan yordam talab qilgan va shu yerda vafot bo'lib ketgan ota-bobolarimiz, bizningki generallarimiz, urush qahramonlarimiz ashada yashagan. Masalan, bugungi kundan biz ham ehtiyoj bo'layapmiz. Yaponiyadagi xizmatlarimiz o'z yo'lida ketyapti. Mayli Dünya Uyg'ur Qurultayinining nomida bo'lsin, mayli Sharq Turkiston surgun hukumatining nomida ilib berilayotgan xizmatlar bo'lsin, va yoki sizlarning o'zinglarning ijtimoiy ilib berayotgan yerlik tashkilotlarning xizmatlari bo'lsin, nihoyat yaxshi bo'layotdi. Bundan keyin endi Xitoy qarshi mücadilemizde Yaponiya pek muhim rol oynaydigan davlatlarning birisi. Şuna Yapon milletini biraz tushunaylik, undan keyin Yaponiyani biraz tushunaylik. So'z sizda. Rahmat. Men uzun gap qilishni hech xohlamaydigan odam. Xo'sh. Chunki yaponliklar men pul gap qilishni xohlamaydigan millat. Shu men qisqa gap qilaman. Birinchisi bu Yapon millati qanday bir millat degan chog'da bu Yaponiya millati shu Yaponiya orlig'i yerlashgan bir qadimiy tarixga ega
millat. Bularninki madaniyati hamda biz civilization deymiz inglizcha. Kültür emas. Bularninki shu kültür emas, madaniyati o'ziga xos. O'ziga xos madaniyat. Yapon madaniyati deymiz bularning madaniyatini. Bular shu qadimgi zamondan tortib dengizni qo'shilib qolgan bir millat bo'lgandan keyin o'ziga xoslik, xususiyat, o'ziga xos madaniyat, o'ziga xos diniy e'tiqod. Mushundaq bir madaniyatni asos qilib qoldi, bu shakllangan endi. Yapon millati eng kuchli taraqqi qilgan vaqtda Meiji inqilobi deymiz, 19-asrninki boshlaridan tortib Meiji tanıqdı. Ben Yaponiyanın ki parçasını parça demeyim, tanıqdı deb olaman. İhtimal bunun belki qo'shilmaslik mumkin. Mayli, men o'zimning konuşum bo'yicha so'zlay. Yaponiya tanıqdı Meiji davrida shu g'arb madaniyatini qabul qilish inqilobini boshlab, Yaponiyani shu hozirgi biz bütün dünya, bütün insaniyetlik ortak kıymet karşı diyen nerse, erkinlik, demokratiya ve asas insan haklarını qo'llaydigan qonun tizim degan shunday bir sistemni Yaponiyaga qabul qilgan ekan, Yaponiyani qattiq taraqqiy qilib, ikkinchi dunyo urushida hamda dunyodagi eng chong, eng qudratli davlat qatoriga keldi-da. Endi bunday bir narsani bizningki Uyg'urlarimiz ham asos jihatdan biladi, o'qigan odamlar bo'lsa biladi. Lekin ikkinchi dunyo urushidan keyingi Yaponiyani bizning xalqimiz yaxshi tushunib ketolmaydi. Endi hammamizga bilamiz, bu ikkinchi dunyo urushida Yaponiya Amerikadan yengilgandan keyin Amerika Yaponiyani harbiy besib oladi. Shundan keyin bu Meiji asos qonunini amaldan qoldirib Yaponiyaga bir asos qonun tuzib berdi. Yaponiya hozir mushu asos qonunninki kontrolligida bir davlat bo'lib saqlanib kelyapti endi. Bu asos qonunninki nimasi? Ro'yi nima deganda bular o'sha dunyo tinchligini targ'ib qilgan, urushga qarshi turadigan, bo'libmi urushga armiya ishlatishga qarshi turadigan, mo'tadil, dunyodagi har qanday bir talash tortishni hargiz qurol kuchi emas, harbiy kuchi emas, balki silpat bilan hal qilish, tinchlik bilan hal qilishni targ'ib qiladigan shunday bir davlat, shunday bir millatlar shakllanib keldi. Nurg'ullarimiz ham Yaponiyadagi bunday bir xarakterni tushunmaymiz. Masalan, Yaponiyada o'zini qo'g'dash tartibi deb shu armiyaga yaqin bir qurolli qismi bor bularninki. Bular bular ismini o'zini qo'g'dash tartibi deb ataydi, lekin bu armiya emas. Yaponiyaninki asos qonunininki 9-moddasida Yaponiya urush kuchi tusi bo'lmaydi degan. Bu nima degan so'z? Yaponiya davlat armiyasi qursa bo'lmaydi degan bir narsa bor. Ikkinchisi, Yaponiyaninki boshqa davlatlarga urush e'lon qilish huquqi yo'q, bizning asos qonunda belgilangan. Shuning uchun asos qonunning belgilamasi bo'yicha hozir Yaponiyada armiya yo'q. Bu bir. Ikkinchisi, Yaponiya hech qanaqa bir davlatga urush e'lon qilolmaydigan holatida. Lekin ikkinchi dunyo urushidan keyin bo'libmi shu Sovet Amerika tirkishib mangan sovuq urush deymiz uni. Shu jarayonda Amerika Sovetga taqobil turish uchun o'zi tuzib bergan bu asos qonunni boshqa bir xil qonunga qarshi nurg'un kichik qonunlarni tuzib Yaponiyaga. Yaponiya hozir o'zining bu o'zini qo'llash atritini xuddi bir armiyadek bir qurib chiqdi. Shu endi Yaponiyaga hozir bu o'zini qo'llash armiyasi xuddi Yaponiyaning atriti, xuddi Yaponiyaning armiyasiga o'xshash bo'lib qoldi-da. Shuning uchun ham Yaponiyadagi eng chong masala shu hozirgi asos qonunni o'zgartirish bo'ladi. Bu 9-moddasini o'zgartirib Yaponiyani haqiqiy bir mustaqil davlat qilib qurib chiqish. Mush jihatda bu AB hokimiyati amaliyot kuchli buning siyosiy jihati kuchayadi. Endi bu asos qonunni o'zgartmasa, erkin demokratiya qonun bilan boshqarilgan bir sistema faqatla bir quruq
cazip kaldı da Yaponya'da. Şuna bular asas kanunu özgertmeniz de bazı bunun küçüğü atıldı. Endi men Yaponya'da 20 yıl turdum Yaponya'da. Men Yaponya'nın siyasi tüzüm bolsun, iqtisodiyat ahvoli bolsun, hamma jihatdan hamda hali bir cho'nqur bir tushunchaga ega. Lekin bizning Uyg'urlarimiz ham Yaponiyaga bundaq bir ahvolni bilib ketmaydi. Bu xuddi Ikkinchi dunyo urushidagi o'xshashlam Yaponiyada xuddi bir samuraydek ashunaq bir kuchli bir ruhning borligini. Siz biraz keyinga dajib so'z qilsa bo'lamdi. Kichikkina. Mush şekilde. Yaponiyada xuddi bir kuchli bir samuraydek shunaq bir ruhning bor ekanligini, Yaponiya cho'qim Xitoy bilan tirkishib Xitoydan bir kelgusida urush qilgandek shunaq bir holatning shakllanganligini, shunaq bir g'oyaviy narsada bizning qarindoshlarimiz bu Yaponiyani kuzatyapti. Amaliyotda Yaponiya u darajaga tayyorlanib berib bo'lmadi. Shunaq bo'lsa-mu, agar favqulodda shu Tayvan masalasi to'g'riliq yoki Yaponiya bilan Xitoy o'tirishmas Senkak masalasi to'g'riliq yoki Choshan yerim Arıl to'g'riliq, Koreya yerim Arıl to'g'riliq bir urush portlab qolsa, bu urush asosiyatan Amerika bilan Xitoyning oraliqida portlaydi bu urush. Yaponiya bo'lsa, bu Amerikaning asosiyatli kontrolli qilgan. Bu Yaponiyaninki bu o'zini qo'llash armiyasi xuddi Amerika armiyasining bir diviziyasiga o'xshash bir shaklda hozir. U vaqtda Yaponiya emas, balki Amerika bilan Xitoy urushiga bu Yaponiyaning armiyasi o'zini qo'llash armiyasi, Amerikaning armiyasining bir qismi bilan buni qatnashdi. Shuna bu jihatda Yaponiya yana nurg'un kichik qonunlarni tuzdi. O'zining asos qonunini bir yoq qayirib qo'yib, u asos qonunining sirtida nurg'un qonunlarni tuzib, o'zini har qanday bir tajovuzchilikqa taqobil qilgan bir shaklga aytib bo'ldi. Yani bu jihatda endi biz Yaponiyadan umid kutadigan bir taraflarimiz bor. Ammo lekin Yaponiya xalqi shu Ikkinchi dunyo urushidan keyingi 80 yil jarayonida bular tinchlikparvarlik, insonparvarlik, ondan keyin iqtisodiy jihatga ko'proq kuchaydigan, shundoq bir shaklda bu millatningki ruhiy qurilmasi tuzilib bo'lganligi uchun bular urushga qarshi Yaponiya xalqi. Yana bir muhim ish Ikkinchi dunyo urushida Yaponiyaga Amerika tunji qatam atom bombasi ishlatib, Hiroshima bilan Nagasaki iborat ikki cho'ng shaharni tuz qilyapti-da. Endi bu insoniyat tarixida tunji qatam atom bombasining ziyniga uchragan Yaponiya xalqi bo'ldi. Endi bu rasmiy urushda atom bomba tashlangan millatda bu. Endi shunga o'xshash biz Uyg'urlarmi bu yer sharida atomning qattiq ziyonga uchragan bir millat. Bizning Sharq Turkiston zaminimizda Xitoy 64-yildan 96-yilga qadar 46 qatim yer yuzi va yer osti atom bombasi sinab elib berib, Teklamakan qumliqning atrofida Turpan deymiz, Qumul deymiz, ondan atrofdagi Xotan, Qashqar, shu biz Uyg'urlar o'rtoqlashgan nurg'un doiralarni bulg'ab bizga mislsiz atomninki ziyni sep keldi-da Xitoy. Mushu jihatdan qaragan chog'da bu dunyoda atomning ziyonga uchragan jihatda elib olsak, biz Yapon millati bilan Uyg'ur millati bu jihatda o'xshash bir ziyonga uchragan bir millat. Yani Yaponlar şu 46 qatim bizning vatanimiz Sharq Turkistonda atom portlatganligini, Xitoyning sinaq elib borganligini bilamdi Yaponlar. Yaponlar yaxshi biladi. Yaponiyada 2009-yili Yaponiyaning Sapporodagi bir universitetda bir professor Takada Jun degan apandim maxsus shu Xitoyninki 46 qatimliq atom bombasiniki Uyg'urlarga atkelgan ziyonkashlikni bu odam Qozog'istonning to'plagan, burungi Sovetlar to'plagan shu sonliq ma'lumotga asosan bu odam bir ilmiy maqola yozib chiqdi. Bu odamning deyishicha Xitoyninki shu 46 qatimliq atom bombasida bevosita o'ldirilgan Uyg'urlarning soni 1.450.000 aşır ekan. Bevosita o'lganlar. 1 milyon. Yani şu Yapon injenerinin, Yapon aliminin davatkan sözüm bu.
Yaponiyadagi shu bir professorning Professor. deyotganligi yakuni. Buni bu odam nurg'un yerlarda e'lon qilib bu kitoblarni qilib besib chiqadi. Buni ham uyg'urcha tarjima qilib bu kitob. Ya'ni buni dunyo biladi, ya'ni hisobda 1.450.000 Uyg'urninki, Sharq Turkistonlikninki, Sharq Turkistonda Xitoy yadro bombalarini sinaq qilishninki qurbon bo'lib ketganligini dunyo biladi bu. Shundaqmi? Yoki bilmayman. Evet, dunyo biladi. Lekin biz o'zimiz Uyg'urlar mana shu masalan 2009 kitap chiqdi deymiz hozir. Mush 10 yilni yog'i biz bu mush atom bombasining siniqi masalasi to'g'riliq biz bu masalani xalqaro sahnaga chiqib mush odamning bizga bergan mush natijasidan biz foydalanmay keldik. Nima uchun degan chog'da bizda tashkiliy jihatdagi nurg'un qalamqonchiliklar bo'ldi. Buni so'zlab ketgan nurg'un gaplar bor. O'zimizning ichimizdagi mushu har xil talash tortish, har xil mushunday ziddiyat, mushu tufayli biz nurg'un narsamizni xalqaroning oldiga qo'ya olmaymiz. Bu kitobning ismini davasizlar, ama qarindoshlarimiz naq maydonda kitobni nim qilib olsin, undan keyin boshqa masalaga o'taylik. Mush hozir siz degan kitobning ismini Uyg'urlar o'qimoqchi bo'lsa, qo'limda o kitap yo'q hozir qo'limda. Men shuni nim qilib keyin Facebook'larga qo'yib qo'yaman. Bo'ladi. Chunki hozirgisining gaplari bu na cho'ng bir gapga, yana bir Yaponiyalik bir professor Sharq Turkistonda 1.450.000 odam yadro bombalarininki siniqi ostida o'ldi. Buning ta'siri uchiqdi degan gap. Buning isbotini topsak biz bu qitimliq bu namoyishda Amerika Kongresi oldida qilayotgan namoyishdami buni ministerlarga, hukumatga jiddiy deyishimiz kerak. Butun dunyodagi bu organlarga, mesela atom bilan munosabatlik atomni cheklaydigan nurg'un tashkilotlar bor dunyoda, yuzlarcha tashkilot bor. Qurolni cheklaydigan, urushni cheklaydigan. Mana mushlarning hammasiga o'tadigan bo'lsak, inshaalloh, chunki professorninki ilmiy tadqiqoti bo'lsa, bu cho'qim ilk ilin deb qarayman. Sizlarga men birozdan keyin yana so'z bersam, Alloh rozi bo'lsin, Yaponiya to'g'risida biroz ma'lumotga ega bo'ldik. Bu samuray degan bu qo'shin, bu kishilar to'g'risida men birozdan keyin yana unutib qolmasam so'rayman. Chunki bizning xalqimiz bularga bek qiziqadi, chunki bizning vatanda Xitoy ishlagan bizni Yaponiyani nachar ko'rsatgan filmlarni ko'rib cho'ngoldik biz. Yaponlarni Yapon bosqinchilari, Yapon tajovuzchilari deb shunday ataydi Xitoy. Amaliyotda u Yapon xalqi undaq emas, balki urushninki nimasiga uchiqgan ayni zamanda bundaqmi bir tariflari bor ekan, buni xalqimiz tushunishi kerak. Xo'sh, Ablajon Leylaman efendimni saqlatib qo'ydim. Men so'zni bersam, Amerika, Virginia bo'lsin, Texas bo'lsin, New York bo'lsin, Washington bo'lsin, qayer bo'lsin, dunyoda hamda kishilik huquq da'vosi qilayotgan bir davlat, demokratiya da'vosi qilayotgan, dunyo soqchisi bo'lishga tirishayotgan bir davlat. Biz uchun intayin muhim bir davlat, ammo Amerikadagi Uyg'urlarningki bu siyosiy da'voda oldin qatorda mang'anmaydi deb o'ylayman. Balkim bu mening fikrim xato. Mang'anmayotdi deb o'ylayman. Ya'ni meng'ayotdi shaxslar, bizning liderimiz Robiya xonim shu yerda. Ammo boshqa davlatlarga qaraganda, ya'ni biz kutgan umid u yerda bek cho'ng ko'rilmayotdi, ammo yaqindan beri butun dunyodagi Uyg'urlar uyg'onib ketishi bilan Amerikadagi Uyg'urlar uyg'onyapti. Ammo bu yerdan biz cho'ng umid kutamiz. Gapimning tagida bu yerda Ablajon efendim. Gapimning tagida Amerikadagi Uyg'urlardan biz bek cho'ng umid kutamiz. Shuni sizlarga markazlasak masalada bu kishilik huquqda ve kanunshunoslikda sizlar u yerda magistrlik unvoni olgan bir kishi, o'qigan bir kishi hamda ve ko'chmanlar idorasida hozir ishlayapti o'zlari. Bu ko'chmanlar masalasida, ya'ni bu tarafdan qanday xizmatlar bo'layotdi? Chunki bizga kunda kelayotgan signal nima deganda, Turkiyadagi Uyg'urlarni Yevropaga yetkazsak bo'ladi, Amerikaga yetkazsak bo'ladi. Chunki qiyinchilik ig'ir bo'lib ketdi, o'qiydiganlar o'qishsiz qilyapti, ya'ni Amerika va Yevropadagidek o'qiyanmadi demakchi. Ya'ni bu jihatda Amerika va Yevropadagi nurg'un sizlarda qonunshunoslarningki biz maslahatiga muhtojmiz. Ko'chmanlar va kishilik huquq masalasi qaysi shaklda, ya'ni bizga munosabatlik tarafini ichib bergan bo'lsin. Rahmat ikam. Endi
Abay bizim kendisimiz bu Sırrı Mehmet Efendi'nin Japon devletini bizimden tanıştırıp öttü. Nurgun kayırdaşlarımız şahsen ben bazı neslerini tutup hürmetken mevsimli bir yeni bir film oldu. Bunda bakarken ben de belki Amerika'nın küçükün tarihini başkalar bilgisi gerek ben çok toplanmayayım hem de fakat azırak toplantıp kaçmak. Mesela Amerika'mı bir mesela yaşatmamış Amerika kıtası, Birleşken Devletler, Amerika Koşmuş Ştatları deyimiz Uygur'da. 1776 yılı 7. ayının 4. günüsü özünün müstakillik kitapnamesini ilan kılan gündür. Takip yana şu Richard Henry Lee degen adam, Henry Lee degen adam, şu biz doğan Virginia'dan 1776 yılı 4. günüsü şu ilan kılan Declaration of Independence Day'de o degenimiz hem de müstakillik kitapnamesini ilan kılıp bu İngilizce'nin başkoştu çıkıp bu 13 state birlikte bu müstakillik ilan kıldı. Şu gün şuna bu da her sene 7. ayının 4. günüsünü özürün devlet bayramı da nahit çoğun karşılaydı. Şimdi yani bir en mühim dokümentlerden birisi Bill of Rights deydi. O da geldik şu 1789 yılısı yani 9. ayının 25. günüsü Kongres'e sunulup 1791 yılı 12. ayının 15. günüsü icra kılınan yani James Madison tarafından yollanan bir nerse. Bu hadi biz davattan şu Amerika tutturuvattan en küçük doküment dominantlığı yaratıyor. Birisi Declaration of Independence yani müstakillik kitapnamesi yani birisi Bill of Rights yani hukuk meselesi, insanların hukuk meselesi. Şuna bu şu iki doküment bilen bu devlet takip bugünküçe dünyada gerçi başka durgun devletlerge qaraganda yaşayanlıktan pek yaş bolsumu ama terakkiyatlarda dünyanın bütün dünyanın siyasetini belirleydiğin bir oranga götürüldü. Yani muşanın ne sebep oldu degende de ben bayatı mevcut oturup kalmış iki doküment fakat bütün olarak neyse sebepçi oldu. Buna şey ben durgun dersler var topluluk kesek. Hem de biz bu şu devlet geldik ki biz mi şu kanunlardan faydalanıp biz mi şu izlenip oturup koyulgan Amerika hükümeti ve Amerika halkı icra kılıvatkan şu biz ne çıraylık şu kanun şu hüccetlerden faydalanıp destek ben gelgenden 96. yılları ben Washington DC'de yalnız turattım. Hocam birkaç aile var dünyada. Şu çağda bizim beşimiz ne mi gelgen hıyalınızga deseniz bir Uygur'unu görenmey, bir Uygurca avaz anlayanmay, Yemen içini sıkılgan şahsen benim. Şuna olan bu Uygur'unu köpeydirsek bulmaydı ki de biz teklif eken insan aklını kondaş cemiyetini kurup bu cemiyet arkalık biz bu kongreslarga Kongres dediğimiz Amerikan Devlet Meclisi geldi. Şeylerge adam çağırtıp namayişlerini uyuşturup konferanslarını uyuşturuş arkalık ulağa Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan işkılıp sizler bu devletleri. Şimdi ben oturuyorduk ulağa yüzler, 200'ler kim kelime üyeti versek şuna olan o adamlar sıkıntı Hudayım götürdü şu da bir sebep kırıcılar. Da kırıyı ve geldik. Neticede biz birkaç yüzlügen Uygurların kilişik sebepçi olduk. Adı ulağa gelgendikin ulağa mı bir yana akvallarını görüp yanı köpeytti. Demek ki o benim sizin sualınızı demek ki olan cevabım biz Amerika'ya gelgen Uygurlar gözümüz kilovağandın killam bir yerde cimri yaşap ketmeyi bizni başkalar burun kanday gelgen bolsa biz mu bilginimizce bilmegende bizden konulardan yoki materyallardan faydalanıp her xil usullardan texnik köpeyip ekensek. Biz xalqimizda bo'lsa shunday kishilik huquq qattiq himoya qilinadigan turmushmi bir qadar yaxshi xalqimiz bolalarini isil maktablarda alayida sharoitlar tarbiyalaydigan bunday bir muhitga erishtirsak buning o'zi bir millatchilik endi har bir oilaning o'z farzandlarini shunday bir yaxshi maktablarda o'qitib Amerika'daki bir oğlularga mayli Avrupa devletleri olsun çıkıp okusa bunu da demek ki bunun nurgun tarafları var mı sorduğundan. Birincisi ben oturup konuştum. Zade şahsilerini mi çıkılalaydı?
Amerika degan Uyg'urlarning hozir mutlaq ko'p qismi Amerikaning citizenligiga, ya'ni fuqaroligiga iltimos qilib o'tdi endi. Ko'p hozir. Endi bular nima qilaydi degan joyda bular chet elda turayotgan do'stlariga, tuqqanlariga bularning bir I-134 deydigan shu bizcha shu chekitova egadiki, ya'ni siz tartib 134 deydigan bir graf bor. Shunda bularning ilayotgan muayishi, turayotgan uyi, undan bularning bankidagi iqtisodiy ahvoli degandek narsalar so'rildi. Undan bular mening mushtuqimni, mush do'stimni fakat shu Amerikaga kelib 15-20 kun mishlarni bir ko'rib, bolalarning ta'tilda ayinib kelsa deymiz degandek bir narsani uni immigration bizning vatandaş ko'chmanlar idorasiga yo'llashning o'rni yo'q. Shuni o'zlari uyda to'shtiramiz biz yordam beramiz. Shuni darhallam yo'llayversa, uning 100% beradi deganlik emas. Endi bu shaxsiylarni uyda o'tirib qilaydigan bir narsa endi bu. Bunda bir imtiyozlar bor, buning bir tiyimi ketmaydi. Bekarlik application u. Kompüter kirib bilan men degan shu egadiki sizga tortilgan 134 I-134 degan grafini tushirsa, bilishim 8 bet u. Shuni to'ldirib yotsa, anidikin ular uni ko'tarib kelib konsuldan appointment kirib, davlat dunyoning hamma yerlaridan kirsa bo'ladi. Buni bir shaxsiylar uyda o'tirib qilaydi. Endi yana bir shaxsiylarning qilaydigan ishi Amerikada public school'lar bor. Ikki bo'limda public school va private school'lar. Public school'lar davlat tarafidan mablag' beriladigan maktablar bo'lg'ashqa, ularga ta'sir ekandi. Lekin bu shu high school, o'rta maktablar, elementary school and middle school, boshlang'ich o'rta maktablar bor. Endi bularga berib, yine işte bu tuğrunun bana sırası 15 yaştı ya 13 yaştı. Bunu size toplatdı. Şuna onun iktisadi ahvalı var ise $15.600 pulda sorap almaydı bular. Bular ya Amerika tuğan bir adam onunla mendemençilik pulu var bir bankanın kaygısını gösteriş gerek. Veya ki şu devletlerde turvatkan mesela Türkiye, Meyli Kazakistan, Kırgızistan dostum. Onlar bir dostlarını sorap olsun bir bankalar pulunu koyup Çocuk pulunu gösterip, anda mektep klası I-20 deydiler. Yani ben degende iyi üstün çıktı var, sızıp tatkan 20 deydiler bir graf var. Şunu ile application'da. Aşkı mektep onu $50 taşıtırıp durdu. Cemi bir immigration gibi taşkışlar demişsin, yollaşkırı $100 gidiyordu. $150. Yani bu Amerika'daki Uygurlarning qilib beraleydigan, o'zining uyi turib qilib beraleydigan ishidan. Hemen şunu devam etme. Shuni bu tezkere. Bunun avukat tutup bizne hayır kılıp bizne idarlar kılıp biz kurtuluşuna ordu ya bunu özgürlük 40 TL'ydi diyor. Eğer yardım sorsa biz telefon da degendek deplerimiz. Hem de bunu toşlarsa bu I-20 Ninig aydın onun üstüge konsulla yani şu Amerika'nın işbirliği çetellik oraları tam baskan o F var dedi bizdeki fabrikadaki F bilen sızıkta tıkan bir koyulgan vizini diyordu. Bunu alıp kelgendikken Onunla ekşip, bunun hanım balları hem kelip, şu F2 bulup, yani aslında F2 ikisi bulup, ular ekşip hem kelereydi. Yani devamlı bu normal bir Uygur'un öyüde oturup kılaylığa işlendi. Hem de teşkilatlar, demiş kılaylığa teşkilatlar, bu şu hazırlık bulup bu şu yakındaki Xitay'ın vatanımız tutup ipirvatkan, bu şu haddidin aşkan, insan kelipidin çıkan, şu atalmış terbiyeleş oldu yani şekil özgergen türbelerde milyonlagan kerindaşlarımız yitivatır. Endi Xitay onunla to'xtakamay, chet elda turayotgan bizning chet elda erkin dunyoda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni ham oilasiga tuqqanlariga besim ishlatish orqali ularni xotirjam qilmayotdi, değil mi? Demak, ba'zi bir davlatlarda hatto Xitoydan chiqib ketgan bilan bo'lmadi hozir. O'rta Osiyodagi bir qism davlatlar, hatto Turkiyadan buni Uyg'urlar xotirjam emasdek ko'rindi yaqinlarda. Shu mayli uni siyosat bilan bog'lamaymiz. Bir inson bir o'rinda o'zini xotirjam, bexatar yashaydiganligiga ko'zi yetmagan ekan, uning Amerikaga kelib asylum ya'ni siyosiy panoh tilash huquqi bor. Hatto ba'zan nurg'un kishilar so'radi shu Türkiye'nin pasportu bor adam Amerikaga kirib siyosiy panoh qilsa bo'ladi deydigan savol. Albatta bo'ladi. Chunki Amerika mu qo'sh citizenship, dual citizenship deymiz. Qo'sh citizenlik ikki davlatning pasporti bo'lishi bo'ladi. Hozir bizning Uyg'urlarning xeyli ko'p Uyg'urlarning ham Turk vatandoshi ham Amerikaning vatandoshi. Ammo demak to'g'ri tashkilotlar kelsak, tashkilotlar mana shunda hozirgi navbatda bo'layotgan mushu qiyinchiliklarni anglatish uchun shularni biladigan,
shularga Amerikaga kelib kongresslarda, Amerika majlisida guvohlik beradigan, xuddi biz 96-yil Ferhat Yo'ronqa ishimiz kelgandek. Odamlarga biz xat yozib kongress orqali ularni biz Amerikaning majlisiga chaqirib kelib, ularni biz bu guvohliklarni bergizgan chig'imizda ular birinchisi Amerikaga kelib qolalaydi, ham ikkinchisi siyosiy panohlik ishlari bu Amerika hukumati chaqirgan bo'lgandan keyin bir qadar tezlashidi. İlgili bu siyasi panohlik ishlari yana uzun so'zilib ketgan, araliq Burunbek tezda yaqinmag'azi. Endi mana bu Trump administratsiyasi, Trump hukumati vazifaga o'tagandan tartib hozir yaqinmag'azi yana yaxshilanayotdi. Burungi tutishni saqlaydigan ishlar endi hozir saylan siyosiy panohlik qilganlarning ishlarini 21 kun 30 kunning ichida jiddiy chaqiradi ish kuchayni ichidan yaxshi hamdir yani ahvollar bir qadar. Hozir bizning qarindoshlarimiz yozibdi inkasda 2014-yildan keyin Uyg'urlarning siyosiy panohlik ishlari bek ostlab ketdi. Ko'chmanlar idorasi biz Uyg'urlarning shu ko'ngil bilmaydi. Buni sababi nima deb sababini so'rabdi. Buning bir javob berdi. To'g'ri, buning sababi bunday. Bu 2014-yildan tartib hozirgacha chiqargan to'g'ri bizning ishg'olligimizga qo'limizda urgan keyslarimiz var. Bularni to'g'lab qolgani rost. Endi bu birinchisi bu davlatning arliqda bir iqtisodiy qiyinchilik bilan government shutdown deydi, hukumatning budjetlarini kesib, bu immigrationda bu tashqi bu ko'chmanlar idorasi ishlaydigan xizmatlarninki 50 adam ishlaydiganini 20 adam ishlaydigan qilib, bular odamlarni qisqartgandan keyin bu keyslar yig'ilib qilib, qanday bo'ldi degandan bu keyslar yig'ilib qolgandan keyin Amerika bu ko'chmanlar qonuni bo'yicha bularni intervyu deb qo'yamiz, 100 tirani so'zlashtirganga chaqirdiganga vaqt yetmay, vaqt 150 kundan ish ketgandan keyin endi bularga ishlash kelishkisi bilan social security yani kimlik nomerini berishga majbur bo'ldi. Shuna bu 150 kun bu kimlik kelishkisi bilan ishlash kelishkisini berdiganini anglagandan keyin asylum qilish shart to'shmaydigan odamlar bu. Bu fursatdan foydalanib keyin bu asylum application'ini yo'llab, shuna bilan bular 150 kunlik kelishkisini elib, meyada ishlab olamiz deb, shuna bu ko'chmanlar idorasini tekrar aldirash qilyapti. Şunlar bu gittim bu Trump'ın hükümeti çıkıp ya bu bo'lmadi. Bularning içinde resmi hayatını kurtarıp kalmışsak bulmaydığı adamlar emas. Hatta özün devletiga qaytib ketsa bo'ladigan adamlarmi ma'u bizning ajizligimizdan yetersizligimizdan ajizligimizdan foydalanib kelishga erish uchun bu nima aldirash bu ishni. Shunga deb 1-ayning 18-kunisi bu yil 1-ayning 18-kunisi yeni bir qonun loyihasi tuzib endi ilgirki abayetni xatmazgan qarindoshlarimizning ko'ni keysini yana to'g'ri qo'yib turib vaqtda mushundan keyin yangi qilganlarini darhol chaqirib boshda buni tutirimiz deb nima chiqadi endi buyruq chiqadi. Hozir shu bo'yicha chiqardi. Ammo bu deganlik ko'ni qarindoshlar hammasi qonun deganlik emas. Ularni chaqiryapti endi arlab ularni tugaydi. Ammo taki bugungacha Amerika hukumati bir Uyg'urni chegaradan chiqarayotgani yoki bir Uyg'urning bu siyosiy panohlik ishini rad qilganini ko'rdik. Bularni uqmay rad qildi deydi. Chunki Yevropa davlatlarida bu udullan berib buni sudda hal qildi ekan. Bizning meyada sud yaman qimmat bo'lgan ekan. Buni tashqi ishlar nima ko'chmanlar idorasiga immigration officer deymiz. Bu immigrationning ishini qildigan odamlar bir odam chiqib ya bir narsadan ko'rishib, uningki ahvolini o'rgangandan keyin ashadlan bir ishkatni tasdiqini chiqarib, sudning qiyinchilikni hal qilaylik deb bu masalaga tutish qilyapti. Demak, narsa demak o'g'lim mayli qaysi shaklda aklayli Uyg'urlarimizni mush Amerikaga shundaq qadimi desigan hamon u mayli qaysi shakldagi videolar kirsin. Bularga darhol hozir mush bizning bu yerda mendan keyin qonun o'qigan Nuriy Turkal degan bir inimiz bor. Undan keyin Ibrahim deb bizning uzun yillik shu Uyg'urlarning ishini qilayotgan bir advokat bor. Undan keyin yana bir Ispanish ayollar bizning ishlarimizni tushunadigan undan keyin haq to'lamaymi bekorlik haqsiz qilib turadigan masalan Uyg'urlar berib haq to'lamay yanchig'ida pul bo'lmasa bizmi ba'zida puli yo'q o'quvchilar azar yordam qilolmaymiz. Shunga shu qonun maktablariga masalan Georgetown University, George Mason University o'zlari turayotgan universitetlar bo'lsa ularning law school ya'ni qonuniy maktab sinf bo'lsa shu qonun sinf o'qiyotgan o'quvchilarni izlash orqali bu ishlarni haqsiz qilishga bo'ladi endi. Masalanda endi direktorning beshaga kelgandan keyin bu Uyg'urlarni Amerika hukumati hozir ahvolimizni tushunaylik, afg'onistonda qulaylik. Men buni demoqchi edim. Sizning savolingizga javob bera oldimmi? Umudim
Cevap verdiniz. Ben aslında şu bir baştan muş meselelerini soray dep nim qilgandim. Çünkü hazır biz sizler bilisizler teşkilatlar, şahslar, rehberler din bizden xalqimiz nəhayət real əməli xidmətlərini kütüb hem de bizden ilqi çaq-çaq o'tirdigan və yoki ani təşkilat mandaq qilib bersə, mani mandaq qilsaq deb 10 yillik, 5 yillik plan tuzdigan bir holatdan ishib ketdik. Hozir shu bizning ikronimizga chiqqan qarindoshlardan naqla savolni, ya'ni siz nima ish qilib beraleysiz va bu tashkilot nima ish qilib beraleydi degan bu meselede bunu merkezleşiyordunuz. Onun için yani köçmenler meselesi kirip gitişimdeki sebep benimki hem sizin bu meselelerini düşündürüp koydunuz biraz. Halkımız hazır çeteldeki vatandakini qutqizolmay qoldik. Vatandaki qat'iy kuchimiz yetmedi. Sharqiy Türkistan xalqi uchun chet elda birmi tashkilot ya birmi shaxsning bevosita bir qutqizish imkoniyati bo'lmayotdi. Mayli mujohidlardan tutun, mayli ziyolilar bo'lsin, mayli tashkilotchilar bo'lsin, uning kuchimiz yetmadi. Ammo chet eldagi Uyg'urlarni qanday qutuldiramiz? Ya'ni Saudiya Arabistondagi Uyg'urlar masalasi chiqyotdi. Bijak Medilyan matdı. Onundan başqa Mısırdagi Uyg'urlarning tarqalishi biraz yaxshi bo'ldi, ammo Yevropaga biz degandek shaklda kelib bo'lolmadi sayda Amerikaga o'sanda kelib bo'lolmadi. Undan keyin Turkiyaning masalasi abay siz o'zingiz deb o'tib ketdingiz, bu qiyinlashyotdi. Ciddi bir şekilde chet eldagi Uyg'urlarning problemini, masalasini hal qilish sizlarning ustunlarga tushdi. Shuning uchun Amerikada siz shaxsan köçmenler meselesinde neymiş qilib beraleysiz bu sualını sorayım. Onundan keyin Sharqiy Türkistan sürgün hükümeti neymiş qilib beraleydi bunundan keyin degan sualını sorayım. Ama bu sualga siz cevap berishdan burun ben Tur Mehmet Hashim efendimge biraz söz berman. Yani o'xshash bir mesele aslında sizlar da'vatgan bu meselelerni konkret tafsili bilib olsak pek yaxshi bo'ladi, ammo uningga Allah xos keyingi programmalarımızda çeksek bo'ladi. Yaponiyadagi tashkilot nima ish qilyotdi va xizmatingiz qanday bo'ladi? Bu masalani boshlasak deymi, Tur Mehmet Hashim. Xo'sh. Hani Yaponiya men avval so'zlab o'tdim. Yaponiyaniki davlat ishidagi siyosati shundoq tinchlikparvarlik, urushni qo'llamaydigan, inson huquqini qo'llaydigan shunaqa prinsipda turdi bular. Diplomatik munosabatda bular hech qanday davlat bilan dushmanlashishni xohlamaydigan bir holatda. Muşunun asasen yani bizimki bu Yaponiyadaki dava işlerimizmi asas cihetten Yaponiya hükümeti, parlamenti, halkı, herkes siyasi teşkilatlarga bizimki hazırki Sharqiy Türkistan'da buluvatkan Xitay zulmünü qanday qilib etraflık anlatish, tushundirish. Mush orqali birisi Uyg'ur millatininki hazır nihayat bir xatarlik bir şərait aslı qağanlıqı əgər Yaponiya parlamenti, hükümeti, xalqı əgər bu işqə köngül bölüb bu Xitay bilan bo'lgan şu diplomatiyada və söhbətlərdə Uyğur məsələsini oturup qoymasa, bularninki bir insani məcburiyyətininki icra bo'lmaydiganligi biz ko'p xizmat qilyapmiz. Shuning uchun bizning hozir Yaponiya Uyg'ur birligininki qilayotgan asosiy vazifamiz ko'pincha shu parlamentlar bilan ko'rishish. Ondan keyin Yaponiya xalqiga har xil yo'llar orqali Uyg'ur davosini anglatish, ham o'zimiz maqola yozib anglatish, yoki bo'lmasa biz materiallarni o'sha jurnalistlarga, yozuvchilarga va boshqa tadqiqotchilarga berib, ashlarning qalami orqali, ashlarning tadqiqoti orqali Uyg'ur davosini anglatish. Ondan keyin bizniki mush Abay hokimiyati qurilgandan keyin 2012-yili 9-yanvar qurildi. Shundan keyin Milliy rahbarimiz Robiya Qodir xonim ko'p qatim Yaponiyaga keldi. Har qatim Yaponiyaga kelsa, biz albatta tunji qatim parlament bilan ko'rishtiramiz. Ondan keyin parlament a'zolarini parlament ichidagi biz Uyg'ur do'stlik guruhi bor. Do'stlik guruhi bilan ko'rishtiramiz. Ondan keyin ondan medialar bilan ko'rishtiramiz, intervyu qilib, har qachon gazetlar, jurnallar, televizorlar intervyu bergizib, ondan keyin ham
xalq bilan yuz ko'rishtiramiz. Bu jihatda biz Rabia Qodir xonim va hamrohlar kelsa chuqur cho'ng hajmlik doklad berish yig'inlarini oluşturamiz. Odatda bir qatim o'rlashtirsak 300, 400, 500 ashnaqa yaponliklar qatnashib buni anglaydi. Endi bizning hozirmiz tashkilotimizninki qilgan xizmatining natijasida parlamentda bizningki do'stlik guruhimiz bor. Yaqinda ishimiz bo'lsa do'stlik guruhi telefon urib biz ko'rishdik, mandaq bir ish to'g'riliq sizlarga bir ma'lumot bermoqchi yoki doklad bermoqchi desak, ular vaqt ajratib bilan ko'rishadi. Tashqi ishlar ministrligi bilan bizningki normaliy aloqamiz bor. Tashqi ishlar ministrligining maxsus bir odam bu Uyg'urlarning ishiga mas'ul. Buni faqat ham shu Rabia Qodir xonim va men bir nechimizdan bilamiz. Bular bilan biz bu yoqda ko'rishimiz. Doklad berib turmiz. Ularni agar bir ishlarni kerak bo'lib qolsa bizni chaqirdi, biz berib ular doklad beramiz. Ondan keyin Erkin Demokratlar Partiyasining ichida bizningki maxsus ko'rishadigan odamimiz bor. Shuning uchun bizningki bu davoni anglatish jihatdagi asosimiz Yaponiyada asosan shakllanib bo'ldi. Shakllanib bo'ldi. Shu endi bizning bu qurgan asosan masalan ba'zi tashkilotlarimiz o'zlariningki bu Yaponiyada bir jonliq bir organi bo'lmasa-mu, ular kelib o'z oldiga biz qurib bergan sharoitdan foydalanib, ular o'zininki biz Uyg'urlar falan tashkiloti bizni sizlar ko'rishadigan bir holat endi. Shunga endi bu jihatda davoni Yapon tarafı anlash jihatda biz hech qanday masala yo'q. Ya'ni siyosiy da'voda ya'ni Yaponiya hukumati bu Xitoy bilan bo'lgan munosabatini yaxshilash tarafdor bo'ladi hozir. U Xitoy bilan Amerikaga o'xshash Xitoy bilan tirmitiq elishish emas, balki bularning asos qonunida 80-yilni o'tirib kelgan tinchlik, barobarlik, insonparvarlik degan narsani nima qilib bular hamma davlatdan yaxshi o'tsak deb mustaqil prinsip bo'lganki, bular Xitoy bilan dushmanlashish emas, Xitoy bilan yaqinlashish, do'st bo'lish, mustaqil prinsipini atmoq oshqanlik uchun bular bu jihatda hech qachon bizning bu da'vo ishlarimizni Xitoy bilan bo'lgan dialog jihatda Amerikaga, Yevropaga o'xshash qonun turg'izib, Xitoyga Uyg'ur inson haqlari dastanchiligini to'g'riliq Yaponiyaning noroziligini qarshiligini bildirib kelmoqda hozircha. Bizning birdan bir vazifamiz Yaponiyani shu tarafga qistash. Qistab Yaponiya birisi qonun turg'izish. Uyg'ur masalasi to'g'riliq. Ikkinchisi Yaponiya hukumati haqiqiy Amerika bilan Yevropa bilan o'xshash darajada Uyg'urlarning hozirgi inson huquqining dafsanda bo'lib million Uyg'urlarningki lagerlarga sulinib ketib, xuddi nachist Yahudilarni qirgandek bir ahvol hozir biz Uyg'urlar shakllanib bo'ldi hozir. Mush ahvolni, mushning jiddiylikni biz hozir Yaponiyaga parlament anlatyapmiz. Bizning hozir asos vazifamiz hozir mush bo'lib qoldi. Ya'ni abay dediniz Yaponiya davlati urush qilishni xohlamaydigan, shuningga loyiq o'zininki davlatning qonun chiqargan bir davlat dediniz. Bu bek muhim bir masala. Ya'ni bu kelgusida Xitoy bilan urushga kirmaydi degan gapni aniq ko'rsatamdi. Bu so'zingiz qisqalam javob bersangiz bunga. Endi Yaponiya qarang o'zininki ichki qonuni shundoq. Lekin yana bir jihatdan bu Yaponiya Amerikaning ittifoqdoshi. Agar Amerika Xitoy bilan tirmitiga elishimiz degan chog'da Amerika uning sirtida qolmaydi. Ya'ni Yaponiya uning sirtida qolmaydi. Shu. Ya'ni urush bo'lib qolsa Yaponiya yana urush qilaverdi. Urush qiladi. Chunki Yaponiyaning armiyasi asosiyatan Amerikaning armiyasining bir qismi. Chunki biz yaqinqi zamonda qilayotgan programmalarimizda Sharq Janubiy Osiyodagi urush ahvollarini biroz ko'z tutyapmiz. Uning uchun Yaponiya ham zot shu Osiyo davlati bo'lgandan shu yaqin muhim rol o'ynaydigan davlat bo'lganligi uchun men buni davlat tarafdan nima o'ylaydi buni so'rab qo'ydim. Ikkinchi masala qarindoshlarimiz yozibdi. Xo'sh. Yaponiyada qanchalik Uyg'ur bor deydi. Ularning da'vo tutgan pozitsiyasi qanday bo'ladi deydi. Şanayet yaxshi savol bo'ldi bu. Yaponiyaga Uyg'urlar kelishni boshlagani shu 2000 urushining keyin ko'p kelishni boshlagani 1986-yilda kelishni boshlagan Yaponiyaga. O vaqtda Yaponiyada bir xususiy universitetlar uyushma bordi. Shu uyushma
atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonini Ma'rif nazarati bilen resmi kelişim tuzip her yili Uyg'urlarni asas qilgan Uyg'ur ziyolilarini Yaponiyaga taklif qilgan bir programni boshlagan. Bu programni dastlabki shu 1986 yil boshlandi. Bu program 2000 yilgacha davomlashdi. Mushu jarayonda nurg'un Uyg'urlar Yaponiyaga kelib o'qib, doktorliklarni o'qib va aspirantlikni o'qib, nurg'un ziyolilar Yaponiyada tarbiyalandi. Endi biz Uyg'ur davosini Yaponiyada elib borganimiz 2007 yili hurmatli Robiya Qodir xonim tunji qatim Yaponiya ziyoratini boshlagan chog'da shu vaqtida Yaponiyadagi Uyg'ur davosi boshlangan. Uningdan burun Yaponiyada Uyg'ur davosi bo'lib boqmagan. Shunga endi Yaponiyadagi Uyg'urlarning kelish manbasi faqat o'qish kelgan ziyoli Uyg'urlar ko'p bo'lganligi uchun bu Yaponiyadagi Uyg'urlarningki asas qismi 90% ko'p qismi endi o'zlarini tam o'sha yaqin kelguncha siyosiyadan yiroq tutib kelgan. Endi biz vatanlik ahvolini biz bildigan bo'lgandan keyin endi ustiga endi hamma odamningki siyosiyga aralashib ketishiningki undaqliq mutlaq bir siyosiy qilmish bo'lmaydiganligining bir jiddiylik vaqtida aniq bo'lmaganligi uchun bizmi vatan qaytarganlarni qaytish kerak deb qaragan. Chunki u hamma Uyg'ur o'qigan Uyg'ur hamma chet elga chiqsa vaqtida vatanimizda o'qimishli odamlar qolmasa vaqtida Xitoyga texim bir boshliq bo'lib yetishtirib bergan bo'limizda shu bizning nurg'un vatanparvar qarindoshlarimiz hatto vatanga qaytib ketib Yaponiyada o'qib vatanga qaytib shu o'ziniki milliy g'ururi asosan yana ashada o'ziga bir kishilik xizmat qilib keldi nurg'un ziyolilarimiz. Endi uning ichida masalan Tashkent deymiz, endi bir nechasi hozir endi nimaga kampga akirib ketdi ularni. Endi shunaqa ahvollar shakllanib qoldi. Endi Yaponiyada qolgan bu qarindoshlarimiz bo'lsa o'zlarining urug'da qoldi, oilaning tabiatlaridan ansirab, ularga bir Xitoyning zulmi kelishdan ansirab qilib, ularning ko'pinchisi Yaponiyadagi muzdavashlarga yaqin kelmagan. Lekin bu qatim Xitoy rasmiy bu Uyg'ur millatini shu qisqa bir vaqtda shu taltiqis bir taraf qilishni bular Xitoy markazi Xi Jinping hokimiyati bu qatnab kelgandan keyin hozir millionlab Uyg'urlar qamalib ketdi emasmi? Shunga bu Yaponiyada hozirgi siyosiyga aralashmagan Uyg'urlarning ota-onalarimi hattoki shu kamplarga akir ketib necha oy, necha yil aloqa qilishmaganlar bor ekan. Tunigun biz Yaponiyada Laylatul Qadr kechasi bo'ldi. Yaponiyada bir davlat bir masjid bor, Tokio jamisida. Shu Tokio jamisiga 100 ga yaqin Uyg'ur shu yerga yig'ilibdi. Bulardan menga Hurmat efendim siz kelsiniz degan bir taklif bo'ldi. Men bu taklifga asosan o jamiyadagi shu yig'ilishga bordim. Men o'zimning Yaponiyadagi 23 yillik turish tariximda bo'libmi Uyg'ur davosini Yaponiyada qilganmiz 17 yillik tarixi tunji qatim Yaponiyadagi Uyg'urlarning oldiga chiqib men siyosiy masala to'g'riliq so'z qildim. Ular anladım men so'zimni. Albatta men bu yerda bu Yaponiyada turgan bu qarindoshlarimizni endi qilishni, tugutishni, bizni yolg'iz qo'ymaslikni, o'zining qo'lidan keladigan har qanday ishni qilishini, buni bizning tashkilotlarimizga kirishini a'zo bular. Buni men talab qildim. Lekin vaqtni qisqa bo'lganligi uchun tunji qatimliq suhbatimiz qisqa bo'ldi. Yana bir qatimliq suhbat o'ylashtirmoqchi Yaponiyadagi Uyg'ur jamoati bilan. Endi bu Uyg'ur jamoatimi hozir Uyg'ur qo'zg'alib bundan keyin bizningki Yaponiyada qo'shilmizmi? Endi Amerikada, Yevropada, Turkiyada kuchni ketmasmi? Hozir passiv bir holatga bir xotim berish sharsharat shakllanib bo'ldi endi bu yerda. Shu buni men bir yangilik deb sizlarga to'xtab qilyapman. Ya'ni yaqindan beri Yaponiyadagi Uyg'urlar yana bu siyosiy faoliyatlarga yaxshi nima qilyapti demoqchisiz. O'zimizning beshimiz qanday kulpat kelgan bo'lsa shuni bizning tashkilotimizga kelib, mushuni Yaponiya parlamentiga
Yaponiya hükümetiga, Yaponiya medyasiga biz texmi canlıq, texmi güçlük, texmi paklık anlataylı. Rahmet, Allah razı olsun. Qılalğan çağda andın daha takabül turup özümüzün, mülkümüzün hazırkı facialik asvalını öz Fırsat qalayımız hem özümüzü urup kaldırımız tutunduralayımız. Eğer biz yani burunqıda kelaqayım, beşimizin içimizi tıkıvelir, men siyasetle arlaşmaya özümüz jirak tutsak, bu del Xitayninki közlügen elaqayım. Məqsədiga biz elaqayım, nima o't yaqtaygan. Rahmet sizlarga, mening ovozim anglayaptimi sizlarga? Anlatırım. Bu hozir ovoz sal buzilib oldi. Ma bu Ablajon Leylaman efendim telefonning ovozini biroz qisib etgan bo'lsa, Xo'sh. telefon biroz echilib qoldi herhalde. Telefonning ovozi, bir sonning telefonning ovozi bek yuqorib ketdi. Shuning bilan ovoz kirib qoldi. Bu telefonni o'rnidan yetkiman. Telefonni qo'zg'amang, faqat ovozini biroz qisib qilgan bo'lsam deyman. Xo'sh. Bundaqda mening ovozimni yaxshi anglayapsizlar herhalde. Men bir qancha qitim so'zni Yaxshi ovoz chiqadi. Xo'sh, undaqda men savolni Ablajon Leylama efendimdan so'rayman. Xo'sh. Amerikaga qor yo'li bilan bog'lanlar Amerikada multaji bo'lib tura olamdi deb so'rabdi herhalde. Biz yilqi bu savollarga diqqat bilan javob berdi deb o'ylaymizmi? Shunday. Mushunga bir javob bersizlar, mushundan boshlaylik. Ona cevap verişte bir nersini uzunluğunuzu bir şey xalqqa bir anlatib qo'yay dedim. Bir uqishmaslik var ekanmiz qonunni jihatdan. Xo'sh. Çünkü ben 2004-yili Amerikada qonun maktabi bitirgandan keyin men bu qonun sohasida bir PhD'lik doktorlik o'qish uchun Indiana universitetiga borib o'qidim. Lekin uni tugatmasdan ma'lum turmush sabablardan Virginiyaga kelib keldim. Ondan keyin men advokatlik imtihoni berdigan chog'da o'g'limni etiganda shaharda dars o'qiyotgan qatirvatdi Xitoy 17 yoshli o'g'limni birinchi vaqasi. Şunlar bu neyroamsal çeşitler bulup ben bu imtihanını verip bu advokatlık bitkiler olsam mı lekin kenişkisini alamaya kaldık. Tam şu taraftan. Ama Nurgan kayındaşlarımız deydi bu Ablajon kanun mektepte bitiripti lekin o kanun sunmaydıkken arkadaşlar uşak yapılar var. Şu an bir dokümanı var ama ismini göstermeyelim. Bana bir şey diyeceğim de bu Amerika'da siz Amerika'nın o advokatla birliği tasdiqlagan mektepte okusanız. Mesela ben şu Stetson University College of Law'da okudum. Onun için siz kudum Amerika'da driver license, maşineden license'nin kinişkisini edip yanınızda bir kinişkisi, resmi kinişkisi var edip oturup maşine etsiniz boğunu dek. Bizden idarimizden, biz kurgan bir şey, Halkada Köşmeler İdaresi'nden bizden okugan mektebimizin o Amerika'nın advokatlar birliği azad mektebini okuduk. Böyle itiraf kılgan. Bunun için biz Amerika'nın kanunları boyunca biz bu law firm yani advokatlar işbirliği ordunu kurduk. Benim üstünde məxsus, benim hareketlerimde gösterdiğin, bana kanun cihetten verdiğin məsləhət verdiğin, benim bir supervisor deydi, hem de İngilizce, benim üstünde bir başlığım vardı. Demek ki oğlum, bunu bir eskatip koydu, uçmazlık olmuşsun. Ama bu uygurlarının ki biz ne çözüldüğün case'den işlevatımız Amerika'da case'den... Sabay telefonunu medarlık evettiniz, biraz burun qaltıga kep qo'ysangiz, biraz pastga qaratib qo'ying, qapamay. Kichikkina. Bo'ldi mi? Okey. Şunu demek ki oğlum, hem hazırlıkça ama sualına cevap versek, hazırlık benim göz aldığımda bizim işgalımızda resmi vizsiz kaça kaldı kirgen bir Uygur kep bakmadı. Hem de hazırlıkça bir sıvı. Ama ya bu bulandı diyen bir sual hem de. İmkan var bir devletinin ki kanunları himaye kılıp, imkan bu onun konsulları verip, kanun boyunca çıraylık onun ki resmiyetinin hakkılarını tölep, çıraylık yollar bilen vizit kelgenimiz en tez. Ama milletin beşiği düşken bu günde eğer bu millet bir amal kılıp meyli kayıt şekilde olsun Amerika'ya eğer kilalese, desek, bu halde onunla o şartsız bu Amerika hükümeti onun bir hatarlığını koğdaydı. Gerçi o kanunsuz kirgen bolsa mu? Ama o kirgenden keyin çokum özününki kimligini, nimi üçün bir yere kanunsuz kirgenligini, hayatının kanda xevipli işgelligini anlatış gerek. Ağlaydan değil. Bilgilik bizim ahvalımızda hazır.
Şuna buna verildiğin cevap ben ularning bir amal qilib qonunsuz holda bir harakat etishini tavsiya qilmayman. Agar kim bo'lsa, agar sharoit shunda qiyinlashib, hayotni qutqarish uchun imkon bo'lmay Amerikaga kelsa, qo'limiz ko'ksimizda biz hammamiz yolg'iz mallar emas, abayman turg'ilib bitgan Nuriy Turkal inimiz, undan keyin yana boshqa amerikalik advokatlarni turg'ilib o'tdik. Hammamizning qo'limiz ko'ksimizda, o'zimizning millati biz ular bilan birlikda yig'lab ahvolimizni anlatib, ularni be'dab qilish uchun qo'limizdan kelishni tirishimiz. Buning bergan javobim bu shunchalik. Ya'ni bir gapni qistasam, Amerikaga bir Xitoy pasporti va bir Uyg'ur shu pasport faqat Xitoy pasporti va qandaq bir imkoniyat bo'lsa, ya'ni nima bilan tayyorlasa Amerikaga keladi. Maqsad faqatli kelish. Ya'ni mayli maktabga kelsin, mayli o'qishga kelsin, mayli ishlashga kelsin. Endi o o'xshamaydi ekan, bu davlatlarning har bir davlatlarning nimalar o'xshab ketmaydi ekan. Ammo buni ketadigan narsalar bular birinchisi konsullik kelgan chog'da o'zining ahvolini chuqur to'liq anglatish kerak. Ularga jiq fursat bo'lmaydi, ularda jiq vaqt yo'q. Necha minutlik ko'rishadi ba'zanlar. Ammo meni deydiganim shu davlatdagi har qaysi bir davlatdagilar shu yerga konsullik kirishdan burun shu konsulxonalarning oldin qurib olgan ofislar bo'ldi. Mayli Turkiyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, O'rta Osiyada bo'lsin. Shu konsullikki qaysi shaklda ish bajardig'ini, qaysi xil, masalan, men deganda tuqqanlar o'tgan vizalarni, maktablar o'tgan narsalarni olib berib, bular ashyoda turayotgan shu konsullik ishlarini anjimish qog'ozlarni tarjima qilib, talatib qilib, ularning graflarini turishtirib, ularga konsullar appointment oldigan bir ofislar borchu, hamma yerda bor bu. Men tavsiya qilganim bular advokat tutsa yomon qimmat. Shunga bular ashlar yerlarga berib, shularga o'zining qo'lidagi dokumentlarni ko'rsatib, mana meni tuqqanim o'tgan tourist viza yoki visitor vizaga bizni yo'qlab ketishga yoki meni o'g'lim o'tgan o'quvchilik vizasi. Cho'qim tuqqani bo'lish kerakmi? Yatla viza. Ya tuqqan bo'lish shart emas, tuqqan bo'lsin bo'ladi. Hatto siz o'zingizning do'stim, to'lishlaringiz bo'lsin bo'ladi, uningda qonun bo'yicha cho'qim tuqqan bo'lsin deydigan shart yo'q. Uni men abay deganda har qanday bir Uyg'ur xohlagan bir Uyg'urga o'tadigan bir narsa hamdi u. Ammo uningda shu grafni so'raydigan yeri va bu sen bilan qanday munosabati bor deb tuqqaningmi degan friend inglizcha do'st desa, family friend, ailemizning do'sti deb to'shlarsa bo'ladi, rost deb. Ham shu bu yerda tuqqan bo'lish shart emas buning berilgan javob. Ya'ni Amerikada tonishi va do'sti bor bir Uyg'ur, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli boshqa davlatda bo'lsin, agar Amerikaga bormoqchi bo'lsa, shular bilan aloqalashib bir da'vat o'tkazsa va buni sinab boqsa bo'ladi demoqchisiz. Bo'ladi emas, cho'qim bo'ladi. Chunki buning ikki narsa bor. Bundan ba'zilar men bayatım deganligi I-134 I-134 degan grafini sal murakkab to'shtiramay qolsa, hatto İngilizce chiroyli bir xatni yozib, men ismim falonchi, men Amerikaning Virginia State'dan falonda o'tiraman. Mening yillik kirimim mancha, mening falon do'stim Istanbulda yoki Anqarada bir yer turadi yoki Qozog'istondan Istanbulda poytaxtda turadi deb bularning adresini yozib, shu ular kelsa, uning men mishat turgan 15-20 kunlik tamog'ini yetib bo'ladigan shelter, ya'ni turar joyini, ularningki doktor og'rib qolsa davolanish pullarini, sirtlarni sayohatga ketadigan qatnash pullarini to'layman deb bir parcha xat yozib, imzo qo'yib, andikin o'zing dokumentlarni, pasport bir narsani kopiya qilib, shuni yo'llab bersin bo'ladi, agrafini to'shtiramiz. Shu hatto bir varaq qog'ozmi bo'ladi. Ammo buningga o'zining adresi, o'zining telefon nomerlari, o'zining kimligi yozilishi kerak. Demak, o'g'lim hatto uni bir varaq qog'ozda versin bo'ladi demoqchiman. O tuqqan bo'lish shart emas. Uni zaten qilish kerak. Endi unda endi ko'pincha joylarda bermay qilishi mumkin, ammo sinamagandan yaxshi ham deb bu bir yo'l ham demoqchiman. U sinish kerak. Ya'ni bu bermaslikdagi masala bir siyosiy masalami? Davlatning hech siyosatlar bu davlatningki bir alayidligi, bu siyosatlar qonunni arayotgan davlat. Unda o'z nima ish qilib bermaydi hamsa. Bermasligida birinchisi bilan birinchi qaraydiganligi mush odam eshak kesib qaytib kelmaydigan o'xshaydi deganga ko'z yetsa endi bermaydi. Chunki bu yerda turib qolmasin deydi. Bu birinchi ko'z qarashi. Ham ikkinchisi ba'zi bir kelgan dokumentlarga qaraydi. Endi u shu kundagi shu konsulda ishlayotgan bir ofislarning shu mishkullik mijoziga bog'liq narsa.
Bazılarınınkine şunca takımlar götürüp kırsımı yak deydiken. Bazılarınınki asallı derdi. Endi bunu da kanun boyunca hem bir nereden toluk ekers beriş gerek esli. Ama bunun bir devlet, endi bunun özgürlükçülük bazı bir prensipleri o şu konsul işlediği adamlarını bulamın erkek terbiyeleydi. Mesela sizde bir kanunshunos bo'lish sifatlari bilan hukumatga arz qila olamlar. Mesela nurg'un Uyg'urlar Amerikaga kelinmayotidi. Mesela shaxsan yaqindan bir qarindishimiz Amerika parlamentida bir guvohlik berish uchun jiddiy harakat qilyapmiz, ammo uni u yerdan bir vizalish imkoniyatimiz bo'lmayotdi. Ya'ni viza qo'yib bermayotdi. Buni sizlar qonun organlaridan arz qila olammi shu yerda? Biz de eğer dinleyemeyiz hem de. Mesela bunlar şeyde durup Amerika'daki bir advokatlar işbirliği oranını hayır kılıp yani hizmet edip özden ahvalini aş konsoluna girgen dokümentlerin hemini bulağı yollasa andan bulağını şu hazırki mevcut kanunlarla seliştirip görüp andan konsolunki eğer bunun vize belişikte tegişlik durup beğenmegen bolsa advokatlar işbirliği oranları onu konsoluğa iltimas sunup bulardan nimi üçün beğenmegenlik hakkındaki ispatını ilişki buludu yes. Bunu ağadaki biz bundan da sebepten beğenmedikse andan onun nimi üçün beğenmegenliğini anlagan dekin ona göre tayarlık kılıp bu işlerin halkı kılırdı. Yani bunu çok bir avukat tutup şu Amerika'da turist bir avukatla işbirliği onunla sözleşip o dokümentlerini verip azizsizliğine diyendik. Biz namazda hem bilersiniz tulup biz Amerika'nın kanunu ve cemiyeti beyanlar kırdık ama beğenmedi. Bunun sebebini biz deprem aldık ya ki bilmedik. De bir avukat tutsa bu avukatlarına onu sürüştürüş hukuku vardı. Qancha pul oladi shuni tutqunga avukat tutqun? O'xshashmaydi endi bu advokatlar işbirliği birisi o'xshashmaydi endi ba'zilari belki mahsus qilishi mumkin, ba'zilari bir ayrim mumkin, $2,000 erishi mumkin. Endi o'xshamaydi endi gap agar undalar kerak bo'lsa aloqalashsa biz bilan ama men degandek boshqa Uyg'ur bolalar bor, Nuris Turkiyal yana bir Uyg'ur qizimizningki yo'ldoshi Amerikalik bolaka u qonun maktab bitirib yaqinda u kenish ishlabdi. İsmini unuttum onu. Unda olsa men siz bilan tunji qitim aloqalashay, biz bir qarindishimiz Amerikaga berib shu davlatga biz Uyg'ur xalqining dardini anglatmoqchi, o'zininki butun isbotliq nimalarni ilib bormoqchi. Bu yerda siz unga yordamchi bo'lasiz inshaalloh. Yani ekranda verdiğini var. Ben özellikle ilerideki başlıklarım bilen benim üstümdeki advokatlarla sözleşip eğer onu muvaffak görüp kılımız ise ben kılımda kiristçi yardımını aymayayım. Bo'ladi. Rahmet. Tur Mehmet Haşim Efendi sizning ikranınız o'chib qoldi herhalde. İkran aldı bağımsız bilinmey qoldim. Baba men bor. Endi ikranni ichib o'tim. Endi abay. Xo'sh. Endi abay sizga bu ikki savolimizdan birisiga javob berildi. Yana bir savolimizda Sharq Turkiston surgun hukumati. Hükümet hakkında bir sual so'ragan mümkün bu şu savolingizni qaytaga takrorlagan bo'lsa. Yani sizningki men hozirgi gap so'zlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Amerikaga bormoqchi bo'lgan bir Uyg'ur Xitoy pasportini ilib Xitoy konsuliga kirib o'zining Amerikadagi tonishininki ivatib bergan davati bilan Amerika konsuliga kirib bir sinab qilib beqishi bu bek zo'r ekan. Ikkinchisi agar bermay qolib qolsa, viza bermay qolib qolsa, puli bo'lsa u qarindishimizning. Chunki yaqindan bir Turkiyadan Yevropaga chiqaman, Amerikaga chiqaman deyotganlar $15-20 xarjlayotganlar bor. Shuning bilan mi kelinmayotganlar bor. Bunda kishilar Amerikadan jiddiy bir advokat tutib, bermaganlikning sababini Amerika hukumatiga Amerikada to'g'izib so'rab beqish lozim ekan, bu ikkinchi masala. O bir huquqiy to'g'ri. Huquqiy ekan, to'g'ri. Uchinchisi Sharq Turkiston surgun hukumati. Burun men shaxsan fikrimni desam, bu hukumatga jiddiy qaramaydim, ammo yaqindan beri jiddiy qarayapman. Nima uchun deganda Ahmadjon Usmon apandim boshchiligida Yaponiyadagi xizmatlarimiz tilga ilishga tegishli xizmatlarni qilyotdi. Midiravotdi tashkilot, hukumat, tashkilot deb qoldim, hukumat midiravotdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi ministerlar ya'ni bir xizmat qilishni o'ylab jiddiy bir harakat kelyapti. Zaten harakat kelmasin bo'lmaydigan yer kelib qoldi. Uning uchun bu hukumatningki kelgusida oldimizgi kunlarda bir jiddiy xizmat kuchaydiganliginglarga ishonaman va tilakdoshman inshaalloh. Ya'ni Sharq Turkiston surgun hukumati Uyg'urlarning Amerikaga kelishiga qandaq siyosiy xizmatlar bo'lyapti zaten. Men o to'g'riliqcha so'rab ketmayman. Qandaq yordam qila olay? Buningdagi qandaq xizmatlarni qila olaysizlar? Sizlar bir diplomatiya ministri bo'lasiz sifatlar bilan.
Endi hozir biz endi keskin gapni qo'yib, o'zimizniki xizmatga keldik. Xo'sh. Rahmat ukam, Sharq Turkiston surgun dokumentiga yaqindan jiddiy qarayotganligingizni söyledim. Endi sizning o Sharq Turkiston surgun dokumentiga jiddiy qaramasligingizni haqqingiz bor. Chunki uçaklarda biz dastlabki qitimda bu Sharq Turkiston surgun dokumenti asli. Bu Sharq Turkistonliklarning eng oxirida qurilgan. Hemmisi birlikte kurulgan. Hemmisi himaye kıldıgan en güzel, en ulug bir hizmet örgünü. Hükümeti. Ama bu malum sebeplerden biz birincisi bütün kişilerin ki destekli biz kurulgancadır Enver Yusuf Turani tarafından bunu dikin İgen Berdikam teklif kılıp destekli kuruldu. Hem de onu hata demeyemeyiz hem de bir yerden kuruluş gerek. Ama şu çağda bu nurgun kişilerin narazılığını kozguydu. Çünkü bunda bir çoğu nes kurulsun da bu halkın rayesini almaya kurulandı dedi. Onu dikin bazı bir işkiliyat, bazı bir işler bulup hükümetinin abroyuna yüksek derecede tesir etti. Demek ben sizin bu işte haksız demek. Hem de biz yakında şu Kanada'da içilgan kurulduğumuzda biz Ahmetcan Osman kardeşimizni biz demokratik saylam arkalıp hem bizdeki ilgili sabık prezidentimiz hazırki bizden fahri reisimiz ustazımız İlgen Berdikam'ınkini makul işi. Onu dikin biz hemimiz demokratik jığını içip avazlık silip biz Ahmetcan Osman kardeşimizle çarptık. Türkistan hükümetinden reis kıtlık. Hoş. Hem de şu günden tartı bazı siz degendek bu Şarkı Türkistan sürgün hükümeti biz Kudayım bizden çoğunluğumuz gibi saptık deme biz şu Ahmetcan'ı özümüz gibi başlık gitkendim tartıp Ahmetcan özünün ailesini özünün turmuş keyifliğini bir yak karıp koyup özünüz görüp durvatsız dünyanın erkanda yerleri berip bugün bir şeyin başına edip gelip iki balının 3-4 küçük yaş ballarının hareketini koyduğunu kilevatıdı. Demek çoğunluğumuz biz Ahmetcan başlık hazır kolumuzdan geçen nurgun planlarımız var, stratejilerimiz var. Yetersizliklerimizin toluklap yani tırışımız ender siz degendek bu köşmeler işlerin kadar yerden berisler degen çağda yani bizden hazır birden bir planımız ne mi deseniz biz bu Kalagarada karan bu ICC deydiğen bir nersi var. O degen International Court of Justice yani Kalagaralık Cinayi İşler Sotu deydiğen bir sot var. Bunu İngilizce ICC deydi. Hem de bizden hazır bu Ahmetcan başlık bizden Şarkı Türkistan sürgün dokümentinden hazırlıklı müeyyette birden bir kılıp tayarlık olan işimizden birincisi ne degen çağda biz Xi Jinping ve onun bu hakimiyetini biz Kalagaralık kanunlarına paylanıp durup Abay siz degenge okşar çetelge çıkan muşu işinin içide boğan Xitayning bevosita ziyonkashligiga uchragan ularning qarindoshlari yoki ko'ruvchilari witness deymiz inglizcha guvohchilarni ib kelib biz buning uchun 100 ming odam gapirishning o'rni yo'q. Biz faqat 3-4 odam topa olsak 3-4 odam bilan biz bu Xi Jinping hukumatini biz xalqaro jinoiy ishlar sudiga berib biz bunaqa bir ojizligimiz nima bo'lsa bu xalqaro jinoiy ishlar sudi o'ziga a'zo davlatlarga ham ishlatalaydi bu qonunni. Ammo shunday bir hukm chiqara oladiki agar Xi Jinping yoki hozirgi Xinjiangga jallod chet elga chiqsa bularni qo'lga olamiz degan hukmni chiqaradi. Bu bir millat uchun cho'ng ish. Yani bizning da'vatimiz biz Uyg'ur davosini yana bir balda bir ilmiy bir qonuniy shaklda xalqaroning ko'zidami nihoyat chiroyli bir shaklda o'tirib chiqib Uyg'ur vatan ichidagi hozir umidsiznotgan qarindoshlarimizga hem bu yerda o'ziniki xuddi dunyoning egisi yo'qdek insonlarni xohlagancha hayvon o'rnida qilayotgan bu iflos Xitoy hukmronlariga bir qonuniy jihatdan bir ogohlantirish bermoqchimiz. Bu bizningki navbatdagi g'oyamiz. Agar biz shunday narsani berib bundan g'alaba qilsak, u holda butun dunyodagi matbuotlar Uyg'urlarning davosini xalqaro jinoiy ishlar sudi qabul qildi degan kundan tortib, ondan biz berib bu vatanning sirtiga mayli pasport bilan chiqsin, mayli farqot bilan kelsin, mayli qo'lvoqli metkadi kelsin, qanday bir Uyg'ur kelsa Amerika hukumati yoki Yevropa hukumatlari oldiga chiqib chiroyli qarshi olib bularni qabul qiladigan bir vaziyat.
Hatta vatandan bir amal kılıp Amerika'nın konusuna yügürüp kırvası ekilip aldığımı kılalışımız mümkün. Ama bunu kılış için ağabey biz degендek bu milletin davasının 56 milletin birinin davası emesligini, bu milletin davasının zemin davası ekanligini, bu tuproqning egisi biz bo'lganligimiz uchun o'limga hukm bo'layotganligimizni anlatishimiz kerak. Qandaqdir Xitoy o'zininki bolalarga o'zining mal Xitoylarga berolmayotgan kishilik huquqni bizga nima turib berdi ekan? Shunday. Bizning da'vatimiz biz nimishqa xatolashdik. Buni siz manmi bor, hammamiz bor. Biz necha vaqtimizni bu bir tijorat degan nima fikr bir qidim qilib baqadi, ikki qidim qilib baqadi. Ziyantas o'xshash tijoratni sarangmi qilmaydi. 60 yil, 70 yil oldi biz kishilik huquq da'vosi qilib ziyon tortyapmiz. Bunun neticesi bu kadar ticaret nima ish qilamiz biz? Mana uning neticesi butun vatanning ichini lagerga aylantirdik. Agar kishilik huquq davosini biz yaxshi qila olgan bo'lsak, bu millatning kuni yaxshilab, bir dehqonchilik qilgan odammi, Turahmatmi, agronomga deb baqsin menga. Bir dehqonni bağlash uchun unaqa kelgan seykuktiga, aninki o'stagan ziraatininki rangiga qarab baho beramiz biz. Sop-sariq gildish yassa, yaxshi dehqon emas u. Demek ki o kadar bizden milletin ahvali günden güne yamansı bugünkü günü kalkan bolsa onun sebepçisi ben, çeteldeki biz. Biz bu iş davada hata kılıp bu millet müşkülü koyuyoruz. Her yeri nımız kınmayı biz, müşkül akmaydıgan, ziyadatkan soğudan yana kınmakçı davatımız da. Yine de gidem, kişilik hukuk davası bek müyüm biz üstüme, hata demeyim ben. Bek müyüm. Ben hiç kimin eğitilmek demez. Ama şuna olan birlikte, kişilik hukuk davası yürütüyorken hazırki mevcut teşkilatlarımızın boğaz izzet hürriyetimizi bildirip durup. Ulanın Çin dilimizden kollaydığı, ağzın dilimizden şirkimde de kollayamaz. Mesela Dünya Kurultayı, Uyghur Amerikan Association, Baturahmet Ağabey, hem teşkilatlar bizdenki 5 koldan 5 parmağıdak bizim için bek müyüm. Ama demek ki oğlum, ular sözlüge çıkıda çokum bizden bu kılıvatkınımız hazırki kişilik hukuk kimliğimizni koklap keliş için. Ama bu milletin asli derdi bu toprak meselesi. Bu toprak meselesi. Biz zeminimizni, biz toprağımızı şunun ilgisi olganlığı için Xitoy bizni sen Uyghur, Şarkı Türkistanlık zeminning ilgisi olganlığını sen ölümge hüküm deb aytyapsa, biz demiş bu aytyapkan narsani demey, biz ondan kaçamiz. Mening deganim, kişilik hukuk davalarını kılıvatkan müşü bizden her xil teşkilatlarımızga cheksiz hürmetini bildirip turib davatini. Ama ularning iltimas qilyaptimi? So'zlagan chegada hech qachon ash da'vo kichiklik qilmaydi, bularga numus qilmasin. Biz ma'ni qilyapmiz, bizning g'oyamiz ma'vu. Ammo bizning yana bir Sharq Turkiston sürgündeki maktab bir hukumatimiz bor. Sizlar ular bilan ko'rishib qilinglar. Ularning fikrini anglab qilinglar. Hadi bizga kelganligini biz ama bizden bu yerde kişilik hukuk davası kılatkan teşkilatlarımız var. Ularının kolunda esil materyalleri var. Ve halkımızın ahvalını, günlük ahvalını yalnız Uygurlar özden kıtırımı kılatıdı. Sizler aşılarını veriyorlar. Ular dair esil dokümentlerle teminleydi. Şu çağda hepimiz birbirimizin beş parmaktık. Her kılı hareket kılıp bir millet üstünde kendimizi toluklarsak. Neymiş kılınmaydık ya? Keşke bizge bir tatlık yapma. Birlik. Eğer birlik... Ben de azrak bir gapni bir nim kılam, azrak bir vaqt berim. Benim bir adıklarım var. Bo'ldi. Ma gapning oyog'ini tushirversin, men sizga gapni beraman. Şu anda mena deganim bizninki hozirgi ilgi xatoligimiz nima bo'ldi desa, kishilik huquq tashkilotlarini mustaqillik demaganda biz tillab. Ular sen bu besh qilding deb shuni biz o'ttirimizda ziyat paydo qilib oldik. Buni tugatishimiz kerak ekan, tugatyapmiz. Masalan, Ahmadjon dunyo huquqidan yig'inlarga kelyapti, menmi beryapman. Biz hozir bular bilan ishga tashqida zid uyushib biz düşman güçler kaldırılışkan vaxtida biz qattiq birleşişimiz gerek. Hemimiz qanchalik qilsak shunchalik. Endi bundan keyin bizning o'rtamizda ziddiyat hech yo'q, ham hech kim salanmaydi. Bo'ldi, rahmat. Qilganimizdan qeyrildishimiz, mustaqillik deganimiz bizdan qeyrildishimiz hammamiz qeyrildik. Men bugun bu shundan foydalanib mujnaz anglata olsam, men baxo'sh bo'lgan bo'laman. Bo'ldi inshaalloh. Zaten ziddiyat yo'q. Allah razı olsun. Ben sizge yani söz vermem çünkü o Turmahmet Haşim Efendi'ninki vakti azı yerim keçi oldu. Abayım bana ciklep koygan hem vakit yetişmey. Sokur vakti olmayız kap kaldı. Bo'ldi, unda qo'ysa sizlar ikkiranni abay qidek ikkiranni o'chirib qo'yib turib so'rilarni yeyapsizlar, chunki bizning xizmatimiz mushta bo'ldi ekan. Abay nayt jiroq bir yerdan keldi-chu, kelib uyiga ulgurolmay Turmahmet Haşim Efendi ishxonasiga kirib nim qildi. Ma ishxona jamoat organ bo'lganligi uchun jaminiki. Shun biroz
ovozlar yoki boshqa mashg'ulotlar bo'lib qoldi. Agar Turmamat Hashim apandim sizlarni nima qilsizlar, mana bu so'zni qilib sizlar ozroq bir narsa yeyapsizlar, hatto ish qilib qolmaysizlar, yana hech nima yemay. Sizlarni razı olsun dostum. Azroq bir 10 minutlik bir so'z qilib o'tay. Mana Abdullajon gapirdicha qarta. Bo'ladi. Aba yanda degan bo'lsa, so'zni men sizlarga boshda berdim. Xo'sh. Uni bilmay qoldik. Xo'sh. Davom qilsizlar. Men asosiyatni Abdullajonning fikri qo'shilmoqchi. Rahmat. Endi bizningki asosiyatni hammasiga emas. Endi bu Sharq Turkiston da'vosi, tuproq da'vosi deydi, albatta shundoq. Endi biz buni nazariya jihatdan desak, bizga 3 chong huquq kerak. Birinchisi bizniki iglik huquqimiz, bu tuproq masalasi. Sharq Turkistonninki iglik huquqi kimning qo'lida bo'lishi kerak? Bu Uyg'ur millatining qo'lida. Sharq Turkistonliklarning qo'lida, Uyg'urlarning qo'lida. Uyg'ur bu Sharq Turkistondagi asosiy bir millat. Albatta boshqa millatlar bor-ku. Shunga Sharq Turkiston xalqining qo'lida bo'lishi kerak bu iglik huquq. Nima uchun bunday deymiz degan chog'da Sharq Turkiston bu Xitoyninki mustamlikasi. Xitoy buni majburiy besilib o'zining mustamlikasi qilyapti. Endi xalqaroda bunday mustamlikaga mustaqillikni berish bir qonuni bor. U nima qonun degan chog'da o'z taqdirini o'zi belgilash qonuni bor. Ba'zilar bu o'z taqdirini o'zi belgilash qonuni bu avtonomiya deydi ekan. Bu xato bu. Avtonomiya uchun, uning uchun avtonomiya olsangiz bo'ladi. Iglik huquqingizni chiqma desangiz bo'ladi. Hatto Xitoyning bir qismi bo'lib ketim desangiz bo'ladi. Bu sizningki o'zingizning xalqaro qonunda bergan sizlarga bir huquq. O'z taqdiringizni siz o'zingiz belgilaysiz. Bu bizning ikkinchi huquqimiz. Uchinchi huquqimiz bizga inson haqlari kerak. İnson haqlari huquq kerak bizga. Chunki bu üç narsa hech zamon bir-birisiz ziddiyat emas. Shundoq. Hech zamon ziddiyat emas. O sen inson haqlarini qildingda biz hech kimni ayblamaymiz. Chunki bu iglik huquqi inson haqlari. Ya Abdullajon apandining abay degan gapi qilolmadik deyapti. To'g'ri qilolmayapmiz ishni dedi. Shunga nima qilamiz? Siz menga gap bering, men devorga ekan siz menga gapimni qaytalang. Shunga bu iglik huquqi, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi, asosiy inson haqlari huquqi degan narsa bu üç narsa bir gavda. Bu bir gavda. Buni hech qanday ayirib bo'lmaydi. Agar sizda iglik huquqingiz bo'lmasa, bu tuproqni siz o'zingiz olmasangiz, Sharq Turkistonda sizning qo'lingizda bo'lmasa, siz bu zaminda o'z taqdiringizni o'zingiz belgilanmaysiz. Agar sizda iglik huquq yo'q, ham o'z taqdiringizni o'zingiz belgilayolmasangiz, sizda asos inson huquqlaringiz bo'lmaydi. Hozir shunaqa. Masalan, Xitoyning iglik huquqi o'zining qo'lida shunaqa. Lekin Xitoy xalqi o'z taqdirini o'zi belgilayolmaydi. Xitoyda inson haqlari yo'q. Nima uchun? Chunki Xitoy kompartiyasi bu o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini, inson haqlari huquqini bu bermadi. Xitoy kompartiyasi bu iglik huquqi ega chiqib, butun narsani o'zining huquq qilib oldi. Xalqqa bu o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini berdi. Bizga bermadi, Xitoylarga ham bermadi. Chunki biz nazariya jihatda ma narsani biz qalimizni aniq qilishimiz kerak. Bu ikki huquqni ayirib etmaslik kerak. Xo'sh. Albatta bizning oramizda iglik huquqlar ega chiqarganlar chiqyapti. O'z taqdirini o'zi belgilash huquqini o'tirib qo'yganlar chiqyapti. İnsan haqlarini da'vatlar chiqyapti. Ular o'zini qilsin, shu buncha qilib mansun. O'zlari ziyotlashmaydi. Shundoq. Hech qanday ziyotlash, hech qanday narsa yo'q. Bugungi temamiz asli bu emas. Sen avtonomiya ekansan, sen inson haqlari ekansan, bir-birimizni ayblashib kelsak, to'g'ri emas. Biz jo'zi kelamaymiz. Ya hozirgacha bir avtonomiya talab qilib o'tirib chiqqan bir tashkilotmi yo'q aslida. Asos inson haqlari huquqi bu bir üç huquqni biz birga qilib elib mangayli bundan keyin. Albatta, rahmat. Rasmiyat gap qildim, shunchaki gaplar. Rahmat, yana sizlarga so'z beraman, chunki sizlarga so'z beraman. Sizlar sovrinliqlarni yeb olamlar, Turmamat aka. Bo'ldi, men chiqib kiraman. Sizlar chaqariq chiqib kirsizlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sınışlık olsun. Rahmet. Oldu işte turiversi buldu. Ablacan efendim hem de
Sizga so'z beraman, to'g'ri. Sizning men abay so'zlarini mandaq tushundim. Kishilik huquq xizmati qo'llayma qilinayotdi. Zat o'zlarim kishilik huquq xizmatida ishlayotgan bir odam. Ammo qilanmidiq deyaptilar. Men bu so'zlarga butunlay qatnashim. Ya'ni bu so'zga ham emas, burunqi qurilgan tashkilotlarningki nurg'un xizmatlarni to'g'ri qilinmaganligiga ishonima, aktiv qilinmaganligiga ishonima, qildinglar, qildi. Buni inkor qilmaymiz, yuzimiz qarab qoladi desak. Ammo aktiv qilinmaganligiga ishonima, ammo buningdan keyin nima uchun bu qila oldi, qilanma degan gapni tilga oladi desizlar, buningdan keyin qilib ketadiganlikni men ko'ryapman. Men mushundan umid qilib bo'lmasa biz nurg'un tashkilotlarni mashkran chiqmaymiz. Nurg'un shaxslarni chiqmaymiz. Aslida-chu. Bizning ishkironimiz to'liq 1 oylik programmamiz to'liq bizniki. Chiqmoqchi bo'lgan odamga 15-20 kunlik navbat keldi. Ammo biz xizmat qila oladigan shaxslarni, xizmat qila oladigan tashkilotlarni yaqindan bir his qilyapmiz. Xalq bo'lib, men bir xalq, normal bir odamman. His qilib, shundan deb qo'llash yuzidan, destaklash yuzidan, agar to'g'ri qila olsa, xalq hammaylar biz bu tashkilotning keyiniga o'tamiz. Bu rahbarning keyiniga o'tamiz, buni qo'llaymiz, buni biz o'zimizga lider qilamiz. Nima ish qilmoqdakmiz? To'g'rining keyindan hammaylar mangmiz. Ammo burunqi tashkilotlar, burunqi shaxslar bu jihatda jiq aktiv bo'lmaganlik uchun xalqda bir bo'linish va xalqda titrash va temtirash va ishonmaslik bor. Ammo inshaalloh yaqindan beri bo'lib shu 2018 kirgan mabeynida bütün tashkilotlar jiddiy o'zgaryapti, o'zini o'ngshadi, isloh bo'ladi. Uning uchun bundan keyin biz jiq odamlarimizga umid bilan qaraymiz. Shuning ichida Sharq Turkiston surgun hukumatiga mo shaxsan men umid bilan qarayman. Bundan keyin nihoyat go'zal jiddiy xizmatlarni qilib ketadi deb qarayman va abayqi savolninki oxiri Sharq Turkiston surgun hukumati abaysizlar bir xizmatni dil hozir. Mana Mushu Sharq Turkiston surgun hukumatining bundan keyin xizmat qila oladiganligini va burunqi ishlarini oqlab chiqa oladiganligini ko'rsatadigan bir so'z. Masalan, Xi Jinpingni yoki Xitoy jinoyatchilarini, ya'ni Xitoydagi Uyg'urlarni asmila qilishga boshlamchilik qilayotgan uningdan burunqi Hu Jintao deymiz, uningdan burunqi mayli hozir Xinjiang deymiz, hammasini jinoiy javobgarlikka tortib Amerikada sud qo'yamiz dedinglar. Mana mushuning o'zi bir xizmat bu boshlanish deyli. Uningdan boshqa yana nurg'un xizmatlar bor. Ko'chmanlar masalasida va yoki Uyg'ur muhojirlarni Amerikaga yo'tkash masalasida qanday bir xizmat qila oladi, ya'ni surgun hukumati. Buning bir konkretroq javob olsin deydi. Rahmat. Endi yana bir gapni qistirib qo'ying. Aytimdan gap qildim sukama. Bizni bir ish qildi, qilay deb ishonganingizga rahmat. Endi millatning mushunchalik qaraganiga xo'sh bulduk. Endi abay biz siyosiy narsalarga o'tib ketdik. Ilgari uni YouTube'lardan nurg'un yerlarda so'zlagandim. Endi bu yangi narsalar emas, ammo demoqchi o'g'lim, biz hammamiz qilayotgan ishni, millatning ishini qilyapmiz. Qanchalik qila olsak shunchalik desak, qandaqdir mening qilayotganimning mushu ishni men qilyapman, mushu ish ham Uyg'urlarning Sharq Turkistonning ishining hammasi mushu deb biz qaysimiz bo'lsak o'tirib chiqib biz ayadagi ovozi bo'lmagan bir millatga bir yerda turib unchalar cho'ng vakillik qilsak to'g'ri bo'lmaydi. Shunga men deganim biz hammamiz mayli dunyo Uyg'urlarninki ichidagilar bo'lsin, mayli Yaponiya, mayli qaysi davlatlardagi qarindoshlarimiz, tashkilotlarning boshliqlari bo'lsin, mayli Sharq Turkiston biz bo'laylik. Hammamiz zodi o'zimizdan qilayotgan ishimizni qanchalik qila olsak shunchalik qilib bir-birimizning kamliklarini to'liqlab buni degan yaxshisi biz gapni davomli birga bo'lamizmi, ittifoqimizni yaxshi, hech bo'lmasa bir-birimizga qarshi turmasak, bir-birimizni chunki bizning g'oyamiz bir. Hammamizning aylanib kelib talashadiganimiz shu zamin. Hammamizning qarshi turadiganimiz birli dushman bo'lsa Xitoy. Unda bo'lgan bizning dushmanimiz bir. Undan oladigan qazimizmi bir bo'lgandan keyin biz hammani bir endi. Shunga bag'ishlanlikda ba'zi bir egizlashlar bo'ladi. Endi men yana bir qisqa qilib agar bu da'volarga biz ko'pil da'vatimiz so'zlayapmiz. Agar so'zligi bo'lmay, hamma narsa ko'ngildagidek mangamiz bu da'voning ichida bo'lmaydi. Chunki 1 milliard 200 million aholisi va atom bombasi va bir dushman chet eldagi bir bo'stonlik ostida yashayotgan millatning vakillarini xotirjam chiqib, bunga dishib o'tirib quchoqlashib da'vo qiladigan bir sharoit yaratilib qolsa, unda da'vo demay yo'q. Bu normal emas. Bu tamomida bu Uyg'urning da'vosi. Bu shunchalik ma'noda. Ammo cho'ng'iydi. Hozirgacha bo'lgan ziddiyatlar bu narsa tabiiy.
Çünkü bizden düşmanımız hemen güçlü. Bu bizge aram vermeydi. İşimiz bizde saladı, vakadalar. Biz bu şuna ketip kaldık hem misafirçilikte. Kılığa şurbağa degi bizim gayretlik anlaşıp bizmanca yüzleştiğe iş çıkıyor. Kışın oğlan bakmalık müşkillerdi. Bunu bir tüketimiz hem de Xudoy bilsa. Ben çok sizge gep qaytib kelsek. Ben hoş oldum. Ma gaplardan intayin hoş oldum. Yani Rahmet ikam. Endi bizning fikirimiz bu ko'chmanlar uchun degan joyda abay men degandek buni hal qilish uchun biz abay men deganlar qo'shishimiz kerak. Asli men qonun o'qiganligim uchun bir narsani dey. Xalqaroliq yana bir qonun sudi bor Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ICJ deydigan International Court of Justice deydi. Bu xalqaroliq adolat sudi. Asli bu sudlar nima uchun qurilgan desangiz asli prinsip bo'yicha Uyg'urning davosini agar shu sud o'zining rolini haqiqiy joriy qildira olsa, bir odam dadisdan qolgan bir uyni boshqa bir odamdan qaytarish uchun mahalla ko'ylarning imzosini ilib, shu odamning shu yerda qancha uzun yashaganligini, shuni keskini o'zi qo'yib, limlarini silib, o'g'isiga to'p sog'inni ko'rgan odamning guvohligini ilib, shu uyni tatma odam quvvat chiqarib turadigan da'vo. Ammo xalqaro sud asli shu vazifani qilolmag'lik. Bu dünyada 267 devlet olan olsa şu 270 adamın bir yere ekilip şu 260 neçe adamın bir yere ekilip bütün hemiz kolduk askerlerini bekar kılıp birla bir xalqaroliq askerni bir kurup koygan olsa muşta sotlar çıkaran hükümni icra kılmagan devletke alanı asker olmaganlığı berip hal kılıp bolattı. Bu xalqaroliq sotninki bu kelgisi gayesi. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın asıl nişanı. Ama hazır dünyadaki bu şu 100% xalqaro siyosatni belgilaydigan 20% ovoz Xitoyda. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 5 permanent member var. O degani mangulik a'zosi. O'sha Xitoy, Angliya, Fransiya, Rossiya deganda. Bunun birisi bu Xitoy. Bunun 20% dunyo ovozini bu tutuqliq. Aslida bu Xitoyning emas bu. Bu United bu o'rin Gomindanga berilgan o'rin Gorjandan emas. Bu Amerikadan bu Xitoyning hozirgi hukumati 70-yilgacha buni davlat deb e'tirof qilmagan tursa. Demakchi o'g'lim, endi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın çatak var. Bütün dünya komünizm karşıtırımız davatkan bir şeraitte bir komünisti ekirip dünyanın 20% avazı belirleydiğen koygan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın çatak var. Eğer o hak olgan bolsaydı bir adet bu şu dünyadaki Müslümanların sahne şunu çıkıp ama bir Müslüman devleti de Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 5 azasından biri kirmedi. Ondan olsa bu haksızlık Birleşken Devletler Teşkilatı'nın. Hazır mevcut. Avval şu yani az hesap olduk ya. Şunu Amerika'nın özgürtmesi atırgan. Özgürtü da. Çünkü Amerika öz vaqtda Amerika memişin de davet edildi inşallah. Demek oğlum endi hazır ben nimin demekçi desağlar endi. Biz ABM elimizdeki bir sualga cevap veriyordu. Sizler Şarkı Türkistan sürgün hükümeti köşmeler işini kaçlık yerden beraber degan sual. Endi biz ABM degandek xalqaroliq jinoiy ishlar sutiga Xitoyni berib biz xalqaroda bir qonuniy jihatdan bir davoni ichib biz dunyoga anglatgandan keyin ham undan burun bizmi munosabat o'rinlarida ko'rishib biz har bir davlatlar qilayotgan o'sha konsullarga Amerika tashqi ishlar ministrligining Uyg'urlarning ahvolini anglatib shu yerga qechib keladigan Uyg'urlarni biz ham so'qiraymiz. Bo'ladi. Yo'q, sizning ovozingiz o'chmaydi. Siz yavring ekranni oldi yesingiz mayli. Bo'ldi ma'qul. Sonsun. Mening qo'sqim chiqib ketibdi endi bo'ladi. Biz endi Ahmetcan bilan akşamlarımızı biz ne çok olmuş akşam keçiş okumadık saat 5 akşamlar. Çünkü biz bu mesele üstünde sözleşiyoruz. Ama biz çıkış kılanmadık hem kılanmayız yeterli. Pek çıkış kılanmayız. Çünkü biz onda Şarkı Türkistan Türkiye hükümeti biz ne bu Xitoyning xalqaro qonun bo'yicha davlatlarninki bir putunligi ustida qo'ygan bir shartnomasi bor. Shunga bu zamin putunligini e'tirof qilib bu Xitoyning ishini aralashmaydi. Bizni bevosita qabul qilinmaydi bular chiqqan. Shunga shundaqdir biz hech kimni ko'rishmaymiz. Yo'q, bizni ko'rishinglik. Bular chiqarib ko'rishmagan bilan biz buni yo'shirib ko'rish. Biz bu da'volarimizni anglatdik. Mayli Kanada hükümeti olsun, mayli Amerika olsun. Bir yerde menba, hükümetin ideal şemşidin ba, ideal hakkımız var menba, Kanada'da Ahmet ba, onun için biz endi Türkistan hükümeti yakınlığımızı biz daim köşklerimizin biz hili yaxşı tanınıp, hili umdan yılıvatımız kam, her kaysalarına yardım bilen Xudayim bursa biz sizler digendim mi aşırıp
Bu Türk bayrağımızda aslında öteki tikligideki bir kudret tapsak, bu bir Huday için asan değil. İnşallah Huday'ımız kutularına erişemiz. Rahmet. Tur Mehmet Haşim Efendi, siz özünüzün avazını takıversiniz optiken, sırtının avazcık kilip aldı. Siz şu işkiran karısınız, şu mikrofonun sürtü var, şunu birli besivetsiniz, sizden bizge avaz kirmeydi. Mikrofonun sürtünü kirmedi, tamam, oldu. Boldu, emdi kirmedi. Emdi hatırlayacağım, qanday avaz çıkarıp yesanlar yaxşı boldu. Sınsun, sushi. Bu nemin avaz? Sushi. Sushi deb to'xtab qoldik. Sizning ovozingіз bakindi. Xo'sh, undaqda mencha mesela o'tganda Kanadadagi bir qarindishimiz bilan nima Avustraliyada qarindishimizdan 5 oila bir oilani akilish projesini o'tirib qo'ydi. Yana buni maslahat qilishyapmiz ular bilanmi? Bu bir amal endi. Abayım siz bizga bir amal ko'rsatib berdingiz. Mesela Gollandiyada ba'zi Amerikada nimalar yo'q ekan, mesela niliqi cho'qim tuqqani bo'lish lozim bu yerda. Mening bilishimcha xatolashmasam. Endi Amerikadagi tonishlar bilan Uyg'urlar jiddiy bir nimaga kelib, aloqaga kirib, Amerikaga bordigan Uyg'urlar borsa bo'ldi ekan, ya'ni viza ularni da'vat keltirib, bu bir amalni oldi. Uningdan boshqa bir amal bormi? Ya'ni mayli sürgün hükümeti bo'lsin, mayli Amerikada eng oxirgi savol bo'lsin, bunga munosabatlik. Ya'ni bir Uyg'urning Amerikaga kelish uchun qanchalik davlatga, hukumatga besim qila olamiz yoki shu yerdagi Uyg'urlar bir qandaq bir harakat qila oladi. Chunki jiddiy bir ahvol bor. Kunida 7-8 odam xat yozadi, menga savol so'raydi, bora olamdiq, kela olamdiq, eta olamdiq deydi. Shu munosabatda Pidoyi qarindishimizningki nimasidimi programmalar bo'ldi, bizning nimadim programmalar bo'layotdi. Ya'ni bu ko'chmanlar masalasini biroz muhojirlar masalasini hal qilishimiz kerak deb o'ylayman. Oyig'ida mushunga yana bir javob berib baq. Ya gapim tugadi. Okey. Endi hozircha bu mesela siz bir misol olaylik. 1882 yili shu Chinese Exclusion Act deydigan, ya'ni shu Xitoy xalqini citizen, ya'ni fuqaro qilmaslik haqida Amerika tarixda ko'rilmagan bir qonunni chiqargan. 1882 yil. Shu Xitoy millatiga fuqarolik bermaslik qonunni chiqargan. Bu dunyoning zilzila sog'an bir qonun, endi bu usul turida bu qonun. Demakchi o'g'lim, Xitoylar shundaqdir, bu şeyga shu 1882 yildan beri bular Amerikaga kirishga boshlagan. Hatta muşlamı hazır köpü milyon yetti bir yerde. Demek Amerika hükümeti resmi bir şekilde bir milletin tunca kıtım tarihinde bir millet üstünde çekleyen şu kanun 1882 yıl çıkan. Demek ki oğlum bizimki Uygurlar meselesi hakkında biz muşni çetel turvatkan teşkilatlar bulup Amerika'dakiler, Avrupa'dakiler biz shularning tashqi ishlar ministrligiga nihoyat yaxshi anlatishimiz kerak. Anlatgan chog'da vatan ichidagi davonlar emas, biz vatanning sirtiga ketib chiqqandan keyingi Uyg'urlarning ahvolining ne kadar qiyinligini, ularning qanchalik qo'rqoq va besim ichida yashayotganligini, mumkin bo'lsa ularni shu davlatlarning o'zlarining qabul qilish haqida biz iltimoslarni to'xtamay yozib turishimiz kerak. Anlatishimiz kerak buni. Biz biluvdan o'tmasligimiz kerak. Xuddi buni kichik bir balaga bir narsani anglatgandek zerikmay anlatishimiz kerak. Bularni inson, bularni Hristiyan diniga e'tiqod qiladigan, bularni Xudodan qo'rqadigan, bularni bir odamga yordam bersa, u olamda savob bo'ladi deydigan bir xalq ma'nosi. Shunga bularninki bu anglatish bu pek muhim. Buni anlatgan chog'da cho'qim yozma shaklda buni davomli to'xtamay yozishimiz kerak. Biz onu qiliqliq hozir shu State Department bilan ko'rishib turamiz. Biz haqiqatan Ahmadjon kelgan chog'da bizni bularga bir narsani yo'llab ketdimiz endi. Sababi nima degan chog'da biz buni qilaversak, buning ham natijasi bo'ladi. Hatto bular shunday buyruq chiqara oladiki, Xitoydan cho'qim 300 o'quvchi yoki 500 o'quvchi yilda o'quvchilik vizasi kelsin deb Tibetlarga 200 ni bergan, u bichalarning keldigan 200 odam yo'q turdi. State Department maxsus Tibetlar uchun chiqargan qarori var. 200 o'quvchi har yili Amerikaga kelib o'qisa bo'ladi deydigan.
Bizim işte programda bunu tasdiqlasak buludu. Hiç olmasa chet elga chiqib ketgan Uyg'urlarning Amerikaga kirish uchun chuqur bir bular pasport yo'qlarga bir travel document beradi. Biz boshqa qog'oz hech birini chiqara oladi bular bir davlat. Agar biz buni to'g'ri anglatasak. Endi yana biz gapimizni qaytib kelsak, mush narsalarni anglatish uchun endi bu millatninki kimligini, Amerikaga kelgandan keyin bu millatning Amerika hukumati va Amerika xalqi uchun qanchalik ish qilganligini, bizning qanday xalqligimizni biz anglitishimiz kerak. Endi hozirgacha Xudo emrisiz bizning chet elga chiqqan Amerikadagi bir Uyg'urimiz Amerikaning qonunlariga xiloflik qilib Uyg'urlarning viza bilan chekidek bir ish bo'lmadi. Xudoyim lekin bo'lmasin. Biz yaxshi ketib boramiz, chunki biz bu yerni qo'yib qo'ysak, keyin keldiganlarimizning oldin to'sib bo'lmaydi deb diqqat qilamiz. Qazib qolsak jamoalar qilib yashab turibdi. Demak, o'g'lim, biz tirishaylik demoqchiman. Shuna bu narsalarni biz shu to'xtamay yezishimiz kerak. Ya'ni balajig'imiz ana emchak solmaydi deb biz yig'lamasak bu narsalar mangmaydi endi. Yana bu o'zimizdagi narsa. Endi abay degandek bu bizlar tugmaydi. Har bir oila ma'minan Amerika kelgandim oilani yuzida demak, ko'ngli ko'ksini sal keng tutib. Bu yerda necha million Xitoy patqaniga bizning Uyg'urlarimiz albatta patadi. Sal ko'nglimizni kengroq tutaylik. Kelganlarga jo'g'a uylarga o'tirilib boramiz, uylarimizni cho'ng. Kelganlarni bir mezgil yaylarimizda yenlarimiz to'g'izib, kelganlarga bir vizlarni ekilib, bir qo'limizdan kelishcha tarafdan kuchaydi. Tashkilot olayli, shaxsiy olayli. Hozir bir Amerikadagi boshqa kelganlarning nurg'unlarning ingliz tili yo'qdi. Hozir bolaları bulg'ortlarning oliy maktabni bitirib chiqdi. Har bir oilada bu boshqalarga yordam qilmaymi, biror parcha xat yozgudek iqtidor har bir Uyg'ur oilasida bor bo'ldi deydi. Shuna biz bir yerdagi bir narsani nima desa, ko'ngli ko'ksimizni keng tutolmayapmiz. Biz mehribonligimizni yetkazolmayapmiz. Bu narsani o'yg'atsak, ishonmanki, bizning xalqimiz to'xtamay bir narsalarni qilish orqali biz bu yerga chet elda qiynalib chet elda Xitoyning besimidan ming jafoda qutulib chiqib, chet elda yana boshqa bir besimlarga uchrab qolgan qarindoshlarimizni qutulishda Xudoy bo'lsa o'rtaq yordamlasak ko'pam g'alaba qilamiz deb qarayman. Allah razı olsun. Hazır Türkiye'de Mısır'dan kelip okuyatkan okuyucularımız var. Kolunda Xitoy pasportu var. Böyle Amerika'ya okuşqa kelmekçi olsa sizince qaysi kişinin qaysi bo'ldi? Bunun için şu Amerika'dan özleri kompüter kirib bir maktabda o'qish kerak. Agar o imtiyozi bo'lmasa, bu Amerikadagilarla aloqalashsa, Amerikadagilar berib, avval men degandek $50 maktabga to'lab, ona bir grant suvat o'shtirib, immigration yo'llab, I-20 degan narsani chiqarib turdi, uni bevosita maktab o'zi uning adresini o'tkasin bo'ladi, yoki me'yor turishlik adimiga o'tkazib, bular pochtadan septasin bo'ladi. Uni kanalda cheksilib, og'zini taqab berdi uning. To'g'rilik olganchigini ochadigan qilib. Shunga endi bu narsalar bek muhim narsalar-ku. Buni shunga endi imkon bor bular bundan bunday narsalarni surishtirgan chog'da cho'qim bu narsalarni pishiq bildirgan kasb ahli bilan so'zlashsin bular. Unidagi bizning Uyg'urlarda bir ayb bor. Bir savolni so'rasa javob bermasa dot deb qolandikidan o'zi bilmaydigan narsaga bir mo'j javob berib taxni qaymoq deb qo'yadigan kasal bor bizda-ku. Qo'yib bersa hammasi remochi bo'lgan, qo'yib bersa hammasi advokat bo'lgan, qo'yib bersa hammasi tamoq. Nima desangiz shu yerdan chiqadi bu millat-ku. Ama ben Avrupa, Amerika'ya bilimini öğrendim kalan. Şunda siz çok da acayip bildiğin bir devlet arbaplarıyla ya profesörlerle tuzlaşıp bir gepni kısıl. Ben makabda bilmeydikken mi? Ecetti'den yengetken. O çöndürüp koyamam adaydı. Bizdekilerce ya bana aldı değil mi? Anladıysan beni bu seviyesizken dep kalıdılar. Bunu dedim bir bilimini sorsa turup da ben Amerika'ya kızım bir neresini sorsa ya ben ma işten aklı emez. Sen falancığı ba açtan onu sözler işteydi. Bizde ondan iş yok. Bizden Uygurlar hem şu yerler. El kılıydınız onu. Bana geldi kıt koysam hata olmazsa arkanda olayı ki demeylemçi. Biz bu şu acizliğimizi... Yani bir okuyucu nemegi Amerika'ya beriş için to'g'riga kirib, internetga kirib, ma'lum bir maktabni tanlab, uni to'shqizib, shu yerga siz degan abay siz deb o'tgan kategoriya bo'yicha uni aniq to'shqizib, ularga o'zining nemisini email orqali o'vasi bo'ladi, shunami? Yani üniversite buludu. Ya komiser bir yerdeki habermen degandek advokatla işbirliği organlarını izlep görüşüp shundoq organlar bormi? Shu bir o'quvchini akilish uchun yordam beradigan tashkilot va advokatlar o'rinlari bormi? Yani bu qarang bu I-20 degan F1 degandachi bayatda men degan narsani shu maktabga bevosita telefon qilib ashlar yoki email orqali ashlarni bevosita aloqa qilsa buning advokat alishning o'rni yo'q. O advokatlar qimmat. Shunga
Aşı balla öz İngilizcesi olmasa fakatla aşı Türkiye'de kaç devlet tuğamız İngiliz bildiğin bir yan tepip işte vize kıldığın bir orunlar var azan ya. Aştala arkalık mı kompüterle kırıp sözleşip kısa minaj tekrar azan buludu. O kompüterde bağ mektepten kompüter website'da kırsa Xitoy pasportu bo'lib qolganligi bir nima bo'lamdi uningki? Ha? Qo'lida Xitoy pasporti bo'lib qolganligi bir gunohmi yani? Xitoy pasporti qanday qaraydi? Bunda iş yok bu hukukucu o Xitay'dan özünden mınlagan on mınlagan hukukçular hukukluk kuadırmış Türkmüş etrafımızda. Yani Şarkı Türkistan sürgün hükümeti aşında bir nes kurup hukukçularını teşkil et, mesela Uygur Akademiyası var bu meselede. Yani Uygur Akademiyası ile birleşip müstak bir 100 hukukçunu Amerika'ya bir ekitip okutduğun bir ictimai bir teşkilat karakterde bir nes kurulu bulan mı sizce? Eğer kurumuz elbette buludu. Eğer kurumuz mesela Ahmet Can Osman bizden prezidentimiz kişinin aldığı kavramlar ve şu Kanada kişilik hukuk ayakları yok ismini cemiyetini kurup bizim hükümetinin yanında bizim bazı işlerimizi şu kitaplarımız elbette buludu. Eğer biz hükümetinin ki namı demez biz hükümetinin ki biz kollap durup biz yani küçük bir şey tarmak teşkilatlarını içip ulanın işte okul şekilde işte yardım edersek elbette buludu. Bu teklifimiz mi? Nayit isim teklifle hem de bunu işte bu ise bizim şeydeki Uygur American Association asli müşteri işlerini kılış gerek. Ulanın vazifesi asli bu. Çünkü hem de bunun dinki halkımız hem de teşkilatlarının namıga ismiga emas şu emeli qilayotgan xizmetiga qaraydi. Onun için Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin mu ameliy xizmetleriga qarab buningdan keyin nihoyatda jiddiy bir taraqqiyot ilgirlash bo'lib ketdi deb o'ylayman. Shuning uchun bunday amaliy narsalarni o'tirib qo'yib qo'yapman. Ha, şu da yana ben abay degende Xudoyim biz hozir keynimizga bir qonun maktablarini olgan holda biz bu Xitoyning bu hozirgi hukmronlarini xalqaro sudga beramiz dedik-ku abaydan. Biz buning rasmiy tafsiliy tayyorligini boshlaganimiz uzun bo'ldi. Men o'zim shu ishdan keyin 10 necha yil bo'lganman. Qonun maktabida o'qigan chig'imdan tortib so'zlay ketdim. Biz bunu Ahmetcan'la müzakeresi, hükümetkiler biz müzakeresi, biz bunu resmi şekilde biz tayarlık kılışkı başladık. Bu daimimiz eğer bu işlerimiz el okkarsa, bunu dikin siz digendek, mavi kalan kişilik hukuk teşkilatları, başka teşkilatlarına mı, köşme işlerini yardım kıldığı işlere biz daha çok iş verilen bulunumuz, daim bursa. Hoş, Allah razı olsun. Ama onlarla kanat tutmayınız. Şahsi namımdan ben devamlı adam çakıp durmayın. Yani Amerika'nın ben tahminen 200-300 yakın adamdım. Ben şahsen namımdan bir amal çakıp geldim. Eğer hem adam mençilik kuşsa yamancı kayıt olamaz. Ulan sizin sınav otursan ornu yok. Oldu. Birinci çakırdığa edimimiz ay bizden aş edimimiz olsun. Şu vatenden ispatlı bilen çıkığılık. Yani bir kardeşimiz şu hazırki ceza lageri Xitay'nınki turmusda yetip çıkığılık. Yakında hazırki ceza lagerlerining amaliy ahvolini bildigan qarindoshimiz Amerika parlamentida guvohlik berish uchun nim qilyapmiz, ammo viza ishlari biroz tez bo'ladi. Uni siz bilan men ayirib so'zlashib olaman inshaalloh. Undaqda men oxirida bir nimani so'rasam, ya'ni bu Turmahmet efendim ishkiran oldiq kelgacha ba'zi qarindoshlarimiz yozibdi, Ablajon Leylnaman efendim siz o'tgan haftaning yog'ini namoyish kelmay uyda choy ichib o'tirdingiz. Namoyish qanday qaraysiz deb yozibdi. Buni nima deb javob olasiz? Rahmat. Rost choy ichib o'tirdingizmi? Boshqa ishlar bo'ldimi? Endi bular yo'q. Birinchisi men aroq ichmayman. Buni shu qarindoshlar. Yo'q, men chaqchaq deb qo'ydim. Aroqning gibini chiqaman. Endi bunda bu namoyish başlangandan anlagandan keyin men naytki xo'shal oldum. İlgari memnunmuş ne 6 ay aşağıda turup namoyish qilgan aşağıda biz. Hükümetten namidan 6 ay namoyish qilgan biz şu kongresni oldida. Şu 5 yilning oldida. 6 ay namoyish qilgan biz to'xtamay. Hem direkt bunun için önem bo'lgan. Şuna men bularningki ahvolini men bek pishiq bilaman. Endi men bu namoyish boshlagan chog'da men yana bir advokatlar ish berish o'rnida ishlayman. Men Dushanbeda jumalikda. Shanba kuni o'zimizning ishlab qilib, men bu Ahmetcan ağabeyimiz kelganda tuniga men birga chiqmoqchi edim. Men tuniga bir idora ishini chiqarmadim. Hozir sizning suhbatingizni tugatib qolib, biz shu yerga bormoqchi edik.
Buna magapni alğandan keyin emas. Biz zaten şu yerga jabdoqliq. Xudoyim bir saç qarindoshlarimiz qutqarsin. O'lib ketmasak, Xudoyim amonligini bersin. Bir 2 saatdan keyin biz şu yerda qarindoshlarimizni endi Ahmetjon bilan men birga bo'laman. Allah razı olsun. Mening savolim asli shu namoyish qanday qaraysiz demak istimda, ammo oldidagi so'zlarni sizga chaqchaq qilib deb qo'ydim. Siz yomon chaqchaqchi. Ama bu namoyishga men bütün vücudum bilan abaydidik ya. Bizningki hukumatimizning vazifasi, prinsipimiz biz bu davoni tashkilotlar bir organizasyon qurup qildigan narsa emas. Buni kim chiqib qanchalik qilsin, u vatan millatning manfaatiga foydali bo'ladigan uning keyinda biz bor. Mayli birisi atlas ko'ylak kiyib so'yinsin, yoki bir chiqib o'ziniki sazın içine dapını vurup sunaytıp sama oynasın. Ya ki hiç işlemede çırayla giyinip doktorlarına gibi araya kolunu tutup yutmuş pişirsin. Neymiş kısıksın? Bu milletin faydasını iş kıldıkken bu ya tutan iş kıldak şeysin. Biz onun keynide. Davanın küçüğü yok. Tuttaçısını bizim davacımız, nakşçımız mı şu, şairimiz mi şu, yazgıcımız mı şu, namaş kılıp bayrak kılıp çıkan keyndaşlarımız tekimi şu. Biz ularning keynida Xudoyim ularga salomatlik va kuch-quvvat bersin. Allah razı olsun, rahmet. Tur Mehmet Haşim efendim ikramning oldiga keldi. Yani sushi belkim. Bu ikramning oldidan her sakallıklar öteyotdi. Yaponiyaning mujohidlari aralashib o'tamsiz. Aslida bu sushi yegan odamlar 5 minut gap qilsa bo'lmaydi. Aslida bu 5 minut tilini kerak, hamdila qo'ygandikan ahvol. Hamile emas biz bu resmiy musulmoncha aytamiz. Musulmoncha bilir. Amin. Musulmoncha bilir. Alhamdulillah. Atrofimda musulmonlar uchun ovozni kelyapti. Rahmat. Ovozim aniq anlatamdi. Yaxshi, ovozingiz yaxshi. Chunki tomoq yegandiki ovoz yaxshi chiqadi. Undaqda men so'zni sizga bersam, men vaqtimiz to'shab qoldi. Sizdan bek konkret savollarni so'rayman va konkret javob olaman qisqa. Yaponiyaga berish uchun bir Uyg'ur qanday rasmiyatlarni o'tash kerak deb bir qarindishimiz inkos orqali qizibdi. Bo'lsa, shu atrofingizda kishilar biroz tomoq yegicharlik ovoz chiqarmasa yaxshi bo'ladi. Bir Uyg'ur qarindishimiz, chet eldagi bir muhojir Yaponiyaga berish uchun qanday rasmiyatlarni hozir qilish kerak? Buning javob bergan bo'lsangiz. Endi Yaponiya qarang, bu dunyoda siyosiy panelni yoki musofirlarga farmon berish jihatida eng passiv bir davlat bu. Dunyo bo'yicha eng nima to'g'ri o'rin turdi ekan. Masalan, bu bir yilda Yaponiyadagi nima panelni musofirlikni iltimos qilganlardan 13 ming odam iltimos qildi. Lekin tasdiqlangani faqat 43 odam ekan. 13 ming odamdan. Shu darajada bularning kim nisbati bektilar. Buning Yaponiyalik inson haqini tashlashtirmay qattiq norozi dunyodami Yaponiya hukumatiga norozilik bildirdi. Lekin bularning bu siyosati o'zgarmayapti. Yani ben bu siyasilerden uzun sordum çünkü buna derken eğer biz bunu bırakmam içiyorsak bizim şu Xitay biskiti de bizim şu Xitay'ın ki çıkıp gitsin ensirep biz bu bütün dünyadaki milletlerge biz bu işini aşmaatını mandak bir düşündürüş egeller var. Yani birisi bu Japonya'ya çeteliklerin mümkün olsa az kırgızış. Bulupmu siyasi panelni musafir hukukini iltimos qilish jihatda chet elliklarning kirishini to'sish mush jihatda Yapon hukumatining siyosatida qattiqchilik bor degan ko'zqarashim bor. Nisbatan Uyg'urlar kelgan chog'dami Yapon hukumati ham alohida bir Uyg'ur siyosati degan narsa o'tirib qo'ymadi. Yaponiya parlamentidami Uyg'urlarga alohida qarash to'g'ri bir qonun chiqarmadi. Uyg'urlar iltimos qismi boshqa davlat bayonlariga o'xshashlar muomala qiladi. Ma Uyg'ur ekanda favqulodda muomala qilmaydi. Mushunday bir prinsipning asosan Uyg'urlar agar Yaponiyaga viza iltimos qilib kelmoqchi bo'lsa, shu o'z turishliq davlatlardagi Yaponiya elchixonalari, konsulxonalarga berib, o'zlari surishtirib,
vizeleşten şartlarını şerden ulardan so'rab shu shart bo'yicha iltimos qilib Yaponiyaning elchixonasi yoki konsulxonalari shu vizani bersa bular Yaponiyaga kelalaydi. Yaponiyaga kelgandan keyin endi bular agar shu Yaponiyaning siyosiy panalini yoki musafir jihatdan panalini iltimosini qilsa boshqa davlatlarga qanday muomala qilsa Uyg'urlar muomala qilib tasdiqlashi mumkin, tasdiqlamaslik mumkin. Endi bu jihatda biz hozirga qadar biroq Uyg'urni rasmiy o'tirib chiqib uni nimaga shu siyosiy panolanishga yoki musofirlik panolanishga iltimos qilg'izib u jihatda bir nima ishlab boqmadik. Ya biroq Uyg'urni bizni izlab kelgani yo'q hozirga qadar. Hozir mushtaq bir ahvolda. Lekin men Yaponiya tashqi ministri bilan so'zlashgan chog'da ularning degani agar Uyg'urlar Yaponiyaga kirib oldi ekan, Yapon hukumati hargiz Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bermaydi. Bu jihatda Uyg'urlar xotirjam bo'lsin. Bundan hech qanday masala yo'q. Uyg'ur agar Yaponiyaga kirdi ekan, u o'zi xotirjam bo'ldi. Hamiga shu nima böyle Xitoyga o'tkazib berish ishi Yaponiyada bo'lmaydi. Buni endi Yapon mumkin emas. Uyg'urni tutib Xitoyga o'tkazib bergan yuz bermaydi Yaponiyada. Abay nima bir siyosiy yuz qilib endi u boshqa bir hukumat qilsa endi uni birindigini olmaydi. Lekin hozir Yaponiyaning qonuni sistemasi ichida u agar bir erkin demokratik Yaponiya bo'ldi ekan, u Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bermaydi. Rahmat. Abay Ablaja efendim deb o'tib ketganga o'xshash, agar o'qishga bordiganlar internetdan aşağıda o'qish tizimlatiblar, Yaponiyada o'qishga berish imkoniyati qanchalik endi? Endi Yaponiya normal qonuniy yo'l bilan turmush qilish jihatdan oson bir mamlakat. Yapon xalqi Uyg'urlarga do'stona. Agar Yaponiyaga keldi ekan, bu bizning milliy davarimiz Yaponiyada to'linib ketdi. Endi asosiyatki Yaponliklar endi azroq bir o'qiganlar bo'lsa, Uyg'ur degan millatni biladi. Bizningki shu Xitoyninki zulmiga qattiq uchraganligimizni biladi. Shunga endi Uyg'urlar Yaponiyada bir ishtapish yoki bir o'qishga o'rlashish yoki bo'lmasa boshqa bir Yaponlarning yordamiga erishishdan boshqa davlatlarga qaragan chog'da osonroq bo'ldi Uyg'urlar uchun. Bu jihatda Uyg'urlar xotirjam bo'lsa, Yaponiyaga kelish kerak. Endi ustiga Yaponiyaning bu ma'rif sistemasi nihoyat esil bir sistema. Mayli u boshlang'ich ta'lim universitet bo'yicha bularning nihoyat mukammal ma'rif sistemasi bor. Uyg'urlarimiz Yaponiyaga o'qishga kelib qolsa, u hamma jihatdan tang yetilib ma'noda. Chuqur bu millatimizga bir yaramli qadam bo'lib yetiladi. Yaponiyada o'qib chiqib ketgan bizning nurg'un ziyolimiz bor, masalan, Amerikadagi Arkan Sidiqjon ve başka Amerika'da şu Uygurlarning ziyolilarining ichida tunilgan odamlarimizning Amerikada xili bor. Nurg'unlari Yapon, Turkiyaga chiqib ketdi, nurg'unlari Yevropaga chiqib ketdi. Bularning kasbiy jihatda hammasi o'zining kasbiningki bir specialist deymizku. Ashuna bo'lib ketgan insonlar. Her qanday yerga borsa o'zining jini bekitamizni Uyg'urlarimiz ham agar ular da'vo qo'shini qatnashib qolgan bo'lsa, ular ham Uyg'ur davası jihatda yana o'zlarining to'kisini qo'shiladigan ziyolilar. Shunga men o'zim shaxsan Yaponiyada o'qidim, doktorlikni Yaponiyada elib, uzun yil Yaponiyada turdim. Men bu davlatni yaxshi ko'raman. Ham Uyg'urlarimning shu Yaponiyaga kelib o'qib, hamisha xizmat qilib, Yaponiyaga biz bilan birga Uyg'ur davasini anlatib, kelgusida Yaponiya asos qonunini o'zgartirib, bu o'zi o'zining siyosatini mustaqil, Amerikada mustaqil belgilaydigan bir shaart kelgan chog'da Yaponiya cho'qim biz Uyg'urlarga yana boshqa jihatdan nurg'un yordam qildi. Endi bizning hozirmiz qilayotgan ishimizning hammasi shu kelgusiga bo'lgan bir asos qurish. Yani Yaponiyada nima uchun bu siyosiy faoliyatlar abay deb o'tib ketdingiz da o'qishga ko'proq chiqqan deb, ama Yaponiyada bu siyosiy faoliyatlar endi umi bir masala hamda hammadan o'qishga chiqishlik, vatanga tushib xizmat qilamiz deb uni bana qiliqlik hamda to'g'ri. Umi bir to'g'ri plan, proje, ama siyosiy faoliyatlarninki bütün davlatlarda bo'lishi muqarrar bo'lishi kerak edi. Ama bu Yaponiyada xalq orasida
normal Uyg'urlar orasida bu nihoyatda baza topolmabdi, ya'ni keng ko'lamlashmay qolibdi. Buningda cho'nglarning bir vazifasi, sizlarning vazifanglar bu yerda o'tkazgan foydalilik yoki ziyonli tarafinglar bo'ldimi buningda? Hani bizninki Uyghur cemaati hech qanaqa ziynimiz yo'q. Biz Yaponiyada az bo'lsakmi, Yaponiyadagi mushu da'voninki bugungi kunga qadar kelayotgan asosini biz qurib bo'ldik. O'tgan men oldin deb o'tdim, mayli parlamentda bo'lsin, mayli hukumatda bo'lsin, yo xalq ichida bo'lsin, bizning da'vorimiz so'nib ketdi. So'nib ketdi. Endi bu Yaponiyadagi Uyg'urlarninki mana shunday bir da'voga o'zini qochirishiga men hayronman. Nima uchun bunday qochirdi bizning o'zini? Nima uchun buning o'zininkimi bir millatga, vatanga bir Uyg'ur bo'lish vijdoni, iymoni asosan o'zininkimi shunday bir majburiyati borligini nimishga o'tirib ijro qilmaydi. Buni meningmi kalamni o'tgan. Yani yetek abay meniki ziyoni bo'lamdi deganim yetaklashdi masala bormi demoqchiman. Tashkilotlar yaxshi yetaklab bo'lganmi? Bu Yaponiyaga kelgan Uyg'urlarimizning 90% o'qigan odamlar. U qo'ylar emas, biz ularni yetaklabmagan. Hammasi kitob o'qigan, bilimi bor insonlar. Turkiyadagidek yoki Yevropa, Amerika boshqanda Yevropa ketgan o'qiganlarni yetaklashga muhtoj bo'lyapti hozir. O'qimagan Uyg'urlar emasda, bilimli Uyg'urlar. Endi ularni biz yetaklab boramiz deb, ularni oldiga biz endi borsaqmi biz qo'rqar ekanmiz, biz berib buni bilan bir uy bilan safar chiqarsak, uni biz istab bermaylik deb bunda ansirayar ekanmiz. Shunga endi ular endi o'sha o'zi endi bu da'vo degan narsa uni siz zo'rlayolmaysiz bir odamga. O'zining iymoni, o'zining milliy vijdoniga asosan u agar vatanim millatim uchun bo'ldi, meni qo'limnikilarni qurbonlik bilan qilay. Ota-onamning beshiga nimkasi kelsin, oilamga nimkasi kelsin deb bizdek bir qurbonlik beralsa, qila oladigan ish bu. Masalan, mening shaxsan bu da'voni qilish jihatdagi bu qurbonlikni nurg'on odamlar bilmaydi. O'zim vayron bo'lib ketdi, bolalarim vayron bo'lib ketdi. Alloh ajr bersin. Alloh jannatdan siz yaxshi bilasiz buni. Biz aslında qurbonlikni berib biz bu ishni qilyapmiz. Bu da'vo qilish ishi undaq oson ish emas. Masalan, Yaponiyada siz bu siyosiy faoliyat qatnashishni tashlab, ba'zi shirkatlar sizga ta'sir qaraydi. Ba'zida Xitoy bilan munosabati bor, ularning to'g'risi bor. Siz agar shirkatning odam bo'lsangiz, siz bu yerda namoyishga qatnashsangiz, o shirkatni sizni qo'llanib qo'yishi mumkin. Masalan, men faqatlam shu 97-yili shu g'olji qonli qirg'inchilikni Yaponiyadan ma'lum bir yerda fosh qilib nima qilgandan keyin men o'zim o'qigan maktab qololmay qoldim. Ular mendan so'ragan birdan-bir masala, siz Xitoyga bora olamsiz dedi. Yo'q, men Xitoyga borolmayman desam, olmaydi. Nurg'un shirkatlardan men iltimos qildim. Ular bilan mendan so'ragan birinchi masala, siz Xitoyga bora olamsiz dedi. Borolmayman deyman, shunday ular meni olmaydi. Bu faqatla shu agar men boshqa Yaponiyalik Uyg'urlarga o'xshash o'zimning ishini o'ylab, o'zimning oilamni o'ylab nima qilgan bo'lsam, bu vaqtda men Uyg'urlarga o'xshash Yaponiyada uy ilib, zamin ilib, nima qilib o'zimni boy bo'lardim. Hozirda kunni ko'rmaydim. Men ashlarning hammani qurbon qilib bu ishni qildim. Hozir men o'zimning vizonim o'zim nima qila olmayman. Allohning oldiga men bora olmayman. Iymonimga tayinib. Allah agar sening millating bilan qilgan desan, millating nima qilib bergan desa, mening gapirgan nurg'un hikoyalarim bor. Men uni qilib keldim. Xalqim meni tunidi. Xalqim meni Yaponiyada Uyg'urlar mening yenim kelmasimi? Butun dunyoda men nega borsam, men Yevropaga boray, Turkiyaga boray, Amerikaga boray. Har qanday Uyg'ur mendan qochmaydi. Va turmayman tapandim kelib Yaponiyadan deb, xuddi Turkiyadagi qarindoshlardek, Yevropada qarindoshlardek meni bag'riga bosadi. Masalan, bizning Turkiyadagi vakilimiz Setim Turk efendi. Aş başdan oxirigacha meni miqtaq qo'llab kelgan bir qarindishim, sabdishim. Men tushundim. Chunki biz 2008-yildan tortib Yaponiya bir jamiyat qurgan tortib biz sabdash, biz qarindosh. U meni yaxshi biladi, men uni yaxshi bilaman. Shu mayli Setim bo'lsa qandaq bir ish kelsin, men Setimga qismi miqtaq turaman. Mening beshim qandaq bir ish kelsin, Setim mening qishimda miqtaq turadi. Biz shunday bir sabdash. Çünkü bu dava jarayonida siz sabdash bo'la olasiz.
Dava Hoş. Hepimiz köprü kaçıracaklar. Endi bu dava köprü koşulanlar sizni to'g'ri tushunadi. Siz mi ularni to'g'ri tushunasiz? Xo'sh. Men sizga men hozir yana so'z beraman. So'z beraman. Alloh rozi bo'lsin. Sizning savur vaqtimi to'shdi herhalde. İnşallah birazdan ki söz beraman. Ablajon Leyli Naman efendim. Xo'sh. Xo'sh. So'zni sizga bersam, ya'ni abay nayt yaxshi fikrlar, yaxshi maslahatlar bo'ldi. Rahmat. Vaqtimiz bir yerga berib qoldi. Shunga oxirgi savollarimni so'rashga boshlayman. Qarindishimiz yezibdi. Asosi qarindoshlarimizninki nimasini oldinga o'rin qo'yman men inkoslarni. Qarindishimiz yezibdi. Biz cho'nglarning burunqi tashkilotlarninki qiyig'ini ketdi. Buningdan keyin shu qo'llab bersanglar deb bir taklif qilibdi yoshlar. Bu bir. Ikkinchisi shu nadi ketkizib qo'ydik biz. Buningdan keyin ketkizib qo'ygan yerimizdan bir ishkin misol qilib bersangiz, buningdan keyin bu xizmatlarni qanday ilib mangimiz bu jihatda bir ozroq so'zingizni anglab boqing. Rahmat ukan. Endi men bu gapni boshlashdan burun men shu bizim yetişilen konumu hoş kıldığan adamman. Sonra bugünkü sohbetlerimizde bir hulas şekilde bir şiirim var benim. Bir komdu. İşte mesela. Böyle müstakillik bulmasa erkinliğin bekleyin. Erkinliğin bulmasa hukukların bir tiyin deydiğen bir şuarım var benim. Ben şunu olan ben ilgili getirimini xulasalamoqchi. Endi bana savolga javob bersak, biz nereden ketdik bu? Tarixni so'zni bilsam bu hammasi ko'pchilik menda yaxshi biladi. Mening bir qo'yim bir tarixni o'qish uchun u g'alaba qilgan tarix bo'lsa o'qiyman, oxiri mag'lubiyatlar oxirlashgan tarixlar ancha qiziqib ketmayman men. Chunki bu mag'lub bo'lgan bir tarix. Bizning millatning baxtga qarshi yakın zaman tariximiz mağlubiyet uçurgan bir tarix. Çünkü ben bunu faxrlanıp sözlep o'tmayman. Gerçi o doğru olsun, hata olsun. Çünkü bana bulduğunu neticesi bo'lishi kerak bu ishni. Demek yakın zaman tarixida hech natijamiz yo'q. Hamda Rossiyaga, ya'ni u yerga sapti deb atayli. Kessin, tugusin. Endi kimga atamiz? Biz erkin davlat yashayapmiz. Mavzu degan Xitoy abstik degan başbaltığı yeniden çıkan latkayını kiyip tuş kol vaqt açkan 21-yildagi qurultayni davomlashtirib bugunga ekilaladi. Biz chet elga chiqib o'qigan u mavzu degan maymoq Xitoyni necha sevildik biz. Acaba bizning ochgan yig'inlarimizdan qaysi bir oxirgi 3, 4, 5 olib kelyapti? Kim bilir? Qilmayapmiz. Bizning seviyemiz ustun bo'lmasa, yana bizning doktorlarimiz o'tiribdi oldimizda. Hem de bundan biz nereden getirip koyduk desek, biz eski davanı abay bizden ötüketken biz doğru anlatamıyoruz. Mesela Amerika'da biz bir adamla ekilip, ben bir Amerika'da aldık öyle, hey how are you dedi, good, what is your name dese Sultan Khan desem, bana ara, o havanın ismi Sultan Khan bulandı demeydi. Oy, good to meet you Sultan Khan deydi, sen böyle görüşkünün hoş olduğum Sultan Khan deydi. Her gün sen ekşirdin Sultan Khan demeydim ama. Oh my God. Oğullarının isminin Ablay'dan, kızlarının isminin Sultan Khan olduğunu bilmeydim hala. Biz birinci kettizip koygan yerimiz, biz Toxta Xan'ın davasını Sultan Xan'ın anlattık. Mana bu bizim. En çok hatalarımız. Direkçi oğlum. Yana belgesem, herkes ben bu gapni şarkılık başka kişilik hukuk taşlattığını. Abi bizimki kendisimiz Doktor Sürmehmet ağabeyimiz oturup koygan self determination öz derdini öz belirleş. Bu nesneyi ben karıştırıp dinlemedim. Demek ki oğlum hemen öz içine iptirip. İptirip diye şarkılık biz en nazik bir meseleyi kaçırıp koyduk. Biz şu nesneleri sözleyip durup biz zemin davasını esli maksimiz geldiği bu şu an biz teyip gidip kaldık. Denemeye kaldık. Çünkü halkara teşkilatlar, devletler, Avrupa devletleri The Bluetooth device is ready to pair. Biz de ağlaydıkken, müstakillik zemin davasıdak, ulan bizden görüşmeydikken degenden biz ensirep, biz hakikaten jüritimizde gitmizde ağıltamıdık. Aslında bunu biz
o kishilik huquq da'volarini deb kelib, oxiri deb qilib chiqarsak bo'ladigan narsalarni qilamidik endi. Ham uni bilan to'xtab qolmadik. Biz qo'pab kishilik huquq da'vosi qilganlarni aqmaydigan da'voni qildik deb bildik. Ular sen o'z oldingga bir hukumat quribsan, ministerga qildi. Xuddi bu millatga ministr bo'lsa, bir davlat qilsa yarashmaydigan. Ha? Bu Uyg'urlar bir davlat olib, uning ministri olib, Ahmadjon prezidentlar ben uningki Sharq Turkiston Surgidagi tashqi ishlar ministri bo'lib qolsam, kimdan qag'ada kelamiz va bizdan? Aşman Xitoylarga boshqasi bo'ysun deganmiz, hammamiz o'zimiz qilib chiroyli qilayotganman o'g'liman. Bir yerga bir State Department boshlig'i desa, yarashqidek chiroyimman meningmi? Ahmadjon tegmi shunda? Nimishqa? Millatning o'zininki qimmatini bilishni yo'qotdi millat. Xuddi millat hukumat qursa, shanxoq kelyapti. Nimishqa? Yurikining bir yerlarida millatga davlat yarashmaydi demakchi bu. Mana bu bizdan xatolik. Bundan keyin yaxshi xizmat qilsanglar bu xatoliklar tugaydi inshaalloh. Sizlar yarashsizlar shu xizmatga yarashsizlar yani. Ha, demak o'g'lim endi men deganim. Men o'zimga misol qilib qo'ydik. Demak o'g'lim biz xatoligimiz ittifoqlikni biz xato tushirib oldik. Mening deganim bo'yicha qilsam ittifoqlik bo'ladi, sen meni bilib olmay deb qoldik. Unda emas. Sen o'zingning bildig'ingni qil, men o'zimning bildig'imni qilay. Amma g'oyamiz bir deb to'solayli. Kunda bir o'tirib choy ichib bo'lsaqmi? Amma umumiy cho'ng masala kelganda birlashaylik. Xudolar Yapon abay turmada ag'in o'tiribdi, Yapon ayna Xitoyni besavaga chiqdi. Go'mindan bilan Mao'zdan jangkashlik qattiq urishayotgandi. Bir mezgil ikkisi urushni to'xtatib turib, birlikda Yaponga qarshi endi. Mesela Uyg'urlarimiz bildigan tarix. Oddiysidan. Bizda bu tutaq bo'lmamiz lozim. Yani bir qarindishimiz naq maydonga telefon qilib qoldi. Shu telefondan keyin so'zni sizlarga qaytarib beray. Bo'lamdi? Bo'ldi. Turmamat efendim, siz biraz orqaga dajib o'ltirsangiz yaxshi bo'pti ekan. Assalomu alaykum. Qarindishim so'zlasangiz bo'ladi. So'zlasangiz bo'ladi. Amerikaga maktablarga keldiğanga iltimos qildiğanga shu o'qitgan ishlarga degan gap chiqdi. Shu men agarda shahiddim qildigan ishlar bularga qolsa xolis yardım degandim. Shunda o'quvchilar bo'lsa ana shu nima bilan aloqalashsa men ketarlik materiallarni ketarlik istab shu maktablar mas'uldigan bu ishlarni men tarafdan qilsam anandagi maktabdan chaqirqi basa elchixon kirib anandagin iltimos qilsa shu yerda besh bersa anandagin shan kelar edi. Balki men kelganimda anda yana yordamda keraklar qolsa men yordam qilsam bo'ldi, boshqalarga yordam qildi. Allah razı olsun, rahmet. Sizdek bir naq maydondan yordamchilarning chiqishi bu bizning bundan keyingi xizmatimizda bek muhim rol o'ynaydi. Siz nerede, qaysi ülkede, yani Amerika'nın qaysi shtatida? Rahmet. Ben özüm hazır Ohio shtatida ve Virginia'da turman. Ayolim Ohio bo'g'achqanda mishakib turman. Ko'p Virginia turman, xizmatim aşağıda. Yani dünyanın qanday bir yerde bir Uyg'ur o'quvchi Amerikaga kelib o'qiyman desa, siz shu yordam berasiz, shunami? Ha, inshaalloh. Xudoy bo'lsa, qo'limdan kelish yordam qilaman. Ha, bo'ladi inshaalloh. Rahmet. Unda yani boshqa gap so'zingiz bormi? Boshqa qarindoshlar deydigan gap so'zlaringiz bormi? Yo'q, boshqa gap so'zim yo'q. Endi shu endi Ablajon efendi deganga o'xshash, endi hozircha shu bu tashkilotlar bevosita ekilamaydi mencha. Ham shu o'quvchilar yo'lida bo'yicha endi tuqa yo'qlash, sayohat degandek amallar bilan kelgandiki, anandagi Amerikaga kelib olgandan bu yerda ko'chmanlar idarasi chirib qolib qoladigan bu ishlarni qilg'il bo'ldi. Shu boshqa endi shu o'quvchilarning ishlarini endi men o'zim burunmoq qilib boqqan. Shu mashalar o'qish vizasi bilan keladigan o'quvchilar bularga qarasa, ular anandagi men bilan aloqalashsa, mashlarga qaysi qandanim ketganligini, bunga ingliz tili bo'lmasa-mu, azroq til bilanmi kelgan. Chunki bu oliy maktablarda shu ingliz tili bilmaydiganlar uchun shu ingliz tili darsligi ESL degan darslar bor. Shu iltimos qilsa, ularga ba'zi yerga o'xshash TOEFL shu chet elga chiqish ta'bisi talab qilmaydi. Shunga ham shuni hamda ba'zanlar o'ylab qoldilar, masalan, mening tilim yo'q deya basam
qanday bo'lar degandek maktabdagi olammi degandek. Hech qanday ingliz tili sakkiz bo'lmasmi? Qabul qildi Amerika maktablari shuni qo'shib bo'ldi. Shuni deb qo'ymoqchi. Chunki ba'zi qarindoshlar inkos qilib yozyapti, bu ingliz tili bo'lish kerak, bu deb. Demak, bu gap to'g'ri emas ekanda, hisob. Yani. Yo'q. Hech qanday ingliz seviya bo'lmasmi? Amerikaga kelib men ingliz tilini o'rganaman. Bizda bo'lardi. Maktablarning ayta ingliz tilini o'rgatgan programmalar bor. Shuni kelib ingliz tilini o'qiydi, ingliz tilini o'qigandan keyin kasb o'qiydi. Men shu endi gapni nimasi kelsak, ingliz tili seviya ketmaydi, iltimos qilib kelish uchun. Rahmat. Ananiki maktablarning har xil talablari bor, o talablar har maktabning har xil bo'ldi, o'xshamaydi. Uni ashula degan vaqtida ananiki madamada narsalar ketadigan, agar ingliz tilini bilmagan qasman tarjima qilib dafasam bo'ldi, kitoblar narsani men tayyorlab pasam bo'ldi, agar men qo'limda gap qolsa. Alloh razı olsun. Cho'qim bir pasport bo'lish kerak bir davlatdan. Rahmat. Yana oyog'ida bir gapni so'rab o'tay sizdinmi? Bu naq maydonga telefon qilib bu gapni o'tirib qo'yishingiz bak cho'ng bir jasorat, yaxshi bir ahvol. Ya'ni masalan Turkiyadan bir o'quvchi Amerikaga chiqib o'qimoqchi bo'ldi deyli. Uning qo'lida Xitoy pasporti bor. Turkiyaning iqomati bo'lish kerakmi buningda? Yo'q. Shu mencha u Turkiyaning iqomatini tushundayman men chunki uning ishlayman. Lekin cho'qim shu bir davlatdan shu qonunli turayotgan pasport bo'lsa, lekin shuni iltimos qilib bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh. To'g'ri. Masalan, qaysi bir davlat o'qiyotgan bo'lsa, anan lekin shu o'quvchining salohiyati bo'yicha iltimos qilsa, taxim yaxshi bo'ldi deb qarayman. Rahmat. Ya'ni Turkiyaning universitetlaridagi o'quvchilar bo'lib qolsa taxim yaxshidir. Ular bo'lib qolsa, ularning taximi yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, rahmat sizga. Mana ekrandan keyin siz menga telefon nomeringizni yoki email adresingizni qo'yib qo'ysangiz, işte Amerikaga chiqib o'qimoqchi bo'lgan qarindoshlar biz bilan aloqalashsa, sizga nima qilsak bo'ladi. Ammo ekranga hozirlab nomeringizni yozib qo'ying dedim, ammo boshqa buzg'unchilar, xoinlar, munofiqlarni telefon qilib avar qilmasin deb o'ylayman. Shuning uchun ekranning oxirida siz bilan biz paranglashib, haqiqiy shunda o'qimoqchi bo'lgan qarindoshlarga sizning nomeringizni, sizning aloqangizni deb berdi. Shuna qilsak bo'lamdi? Bo'ldi, javob yo'q. Bo'ldi demsa Allohga omonat, rahmat. Bo'ldi, Allohga omonat. Rahmatimiz. Ablajon efendim bunun qistirib qo'ydigan so'zingiz bormi? Bu ingliz to'g'ri deydi bu, chunki ESL deydi, English as second language degan, chunki ingliz tili o'zining ona tili bo'lmagan, bilmaydigan bolalar uchun maktab, universitetlarning ochgan til o'rganish programmalari bor. Bu inimiz shuni demakchi. Shunga agar o qarindoshlarimiz inglizchimiz bo'lmasin bo'lamdi desa, to'g'ri aytishimiz bo'ladi. Chunki u yerga konsullik qilganda men inglizcha bilmayman, Amerikaga borib inglizcha o'rganib ketib borman deydi, orasini deydi. Demak, u indimizning degan gap to'g'ri hamda ham oxirida anglayotgan bo'lsa, sizni so'rayapmidik. Rahmat o indimizga. Agar ashunday volontyor qilib o'z ixtiyorligi bilan yordam qilsa, agar u bolalar men bilan aloqalashsa, bizim ba'zi kelgan keyslarni bizni yo'llab aloqalashib turamiz. Men izlayman o bolani. Bo'ladi. Xudoyim razı olsun. Xudoyim razı olsun. Sen telefon qilib o'zining bir yardımını sunganlığı için rahmet. Bu millette adamı hoş kıldıgan bir narsa. Ben hoş oldum şahsen o kardeşimizde. Bu kardeşimiz nemeyle hoş olumuz elbette. Rahmet, çünkü hazırlıkı gap ötkenki 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl şu gapcık iş az olup kaldı. Gapның arasını etsek. Bunun dinkin hem de işcik gap az. Bulaş için şahsen rahmet yetimiz. Şuna ismini soraş meselesi hem de ma ekranda sorasak bunun için de azam netçi münafıklar oturup anlaydı. Nimde etidı. Avazımızını alıdı. Onundan keyin xalqara dımı bizge qarab olturdu muştaq nindeydiğen buladı hep mesela. Tabii. Xoş. Men ahirki sözleringlarni alsam asli so'zlashgan jiq narsa bor ekan ikkanlarda. Bo'labmi Amerikaning masalasimi masalan bu savolni men oyga qo'yib qo'yim, unutib qolibdiman. Siyosiy mahbuslarni qo'g'dash fondi jamiyatining raisi ekansiz siz masalan. Men hozir so'rab o'tay buni. Siyosiy mahbuslarni qo'g'dash fondi jamiyati degan nima? Buni biroz qisqami? Vaqtimiz o'sha. Ama 96 yılı
10. ayda biz Amerika'ya gelip 3 aydan keyin şu Sıdıqacıkam yani Sıdıqacım Rozi Ademcan kam G'ulamiddin degandek peshqadamlarimiz bilan biz birlikte kurup çıkan şu Teklimekan İnsan Haklarını Qo'g'dash Jamiyatining ismini biz qayta o'zgartib İngilizce Protect Political Prisoners of Uyghurs Foundation yani Uyg'urlarning siyosiy mahbuslarni qo'g'dash fondi jamiyatiga o'zgartib davlatlik tasdiq qurdik. Ham uning 501c 501c dokumentlarimiz bor. Uningga kishilar har xil narsalarni donate qilsin bo'ladi. Lekin biz hani buni qo'yishga maqsadimiz nima desangiz, buni ismini o'zgartib qilishimiz. Biz shu lager ichilishdan burun qurgan biz buni. Chunki shu abayman sizga xalqaro jinoiy ishlar sotiga şu hükümet namıdan biz şu davanı berimiz deganligimiz uchun biz bu fondi jamiyatni qurgan. Bu berib sizning abay savollaringiz javob berdi. Sizlar hükümet turib yana boshqa jamiyatlarni yanada saqlab bo'ladi degan savollaringiz kelib taqiladi. Biz hükümetning ichidagi men Ahmedjon bilan so'zlashib ismini o'zgartib biz buni qurgandan keyin endi bu tashkilot biz Sharq Turkiston Sulugi hukumati nomi bilan berib ko'rshanmaydigan o'rinlarga berib ko'rishimiz uchun bizga ishlarni ochilganligi foydali. Çünkü biz bu cemiyetin ismini bu şu siyasi çünkü bu xalqarada hozir dunyoda siyasi mahbus en jiq o'rin bizning mamlakatimiz hozirchi. Bu xalqaroning muhim diqqatni qo'zg'ishi, bu xalqaroning bevosita aralashishini sabab bo'lishi, bu xalqaro sudlarning adolat o'rinlaridan o'tirib chiqib Xitoyni qonuniy jihatdan jazolashi va ayblash uchun bek muhim. Shuna hozir bizning bu jamiyatimiz bu Sharq Turkiston Sulugi hukumatining ba'zi bir bo'shliqlarni doldurish uchun onunla yordamchi qilib qurgan tashkilotimiz. Demak, bu tashkilot zaten bir cümlege gözükün chaqirsak, mushu davani xalqaro jinoiy sud ishiga opirish uchun qurilgan, hem shuning uchun xizmat qilib, hem shuning uchun xizmat qilmoqchi, hem qiladi. Allah razı olsun. Yana bu hozir Bulg'aristonda nima bor? Hozir bir qancha qarindishimiz yetyapti. Nimada turmada yetyapti? Malayziya, Tayland bu yerda bularga yardım qilib bo'lamiz sizlarningki qo'linglar orqali. Bo'ladi agar ular informationlarni, uchurlarni bizga to'liq beraylik, belgili bo'lsa, agar balki masalan 1 minut saqlaman sizga so'z beraman hozir. Ularning ruxsati bilan albatta. Ularning ruxsatisiz uning pasportlarini boshqa delicate muhim inchki materiallarni internetlarda bir-birisiga uyatib yursak, ularni bexatarlikka daxldorlik mumkin. Endi uni shularningki o'zi javob berolmasa, turmada chetelda turmaga ilingankan cho'qim ular bilan ko'rish amali bo'ladi endi Xitoyning ichida bo'lmaganligi. Ularning bir ruxsatini, roziligini olib, agar shular rozi bo'lsa, agar ular yordam qilishni iltimos qilsa, biz Sharq Turkiston Sulugi hukumatining tarafidagi bu Uyg'urlarning siyosiy mahbuslarini qo'g'dash fondi jamiyati Amerika hukumati tizimlatgan davlat qonunli bir tashkilot. Biz buni vakolatdan berib, ular bilan suhbatlashib, State Department bilan ko'rishib, biz bu bolalarning burunmi qilgan biz buni 96-yilda hozirda nurg'un odamlarni turmalarni chiqib Amerikaga, Kanada va yerga apagan tajribamiz bor. Yana qila olamiz. Endi bizga shu Taylanddagi bolalarni Amerikaga yo'tkab ketadigan bir xizmatni qila olgan bo'lsangiz, yani Uyg'ur xalqining qalbida mangu saqlanib qoladi, yani boshqacha bir tiklanish bo'ladi. O fırsatni biz kaçırıp koyduk. Çünkü uçakda Rabia Kadir Hanım başlayıp Dünya Uygur Kurultayı bu iş özlerinin ciddi anlaşılatkınlığı, mühim orunları görüşüvatkanlığını, bunları ekildiğanlıklarını bizden devamlı alakası tuttu. Bundan vakit ki bizim bu iş gelip, yani bir yere ular görüşkeye bizim verip, bu işin tekrar mürekkepleştirip, bu iş gibinden bir adamı okşayacağım ki iş kıladam geldiğinde de iş bozmayı dedik. Sonra biz bu Dünya Uygur Kurultayı'yla görüşüp, biz özara değişip, bundan sonra bu işin ortasından çıkarlar. Biz özümüzün çektiğini, biz ular işini... Prinsip cihetten doğru mu olmuş? Bir teşkilat tutqaşın, yani bir teşkilatınki tutmaslıkı ya ki berip tutuşu prinsip cihetten doğru mu? Prinsip cihetten bunu şeklini uçurmazsak gerek. Onu tutsa bunu yurduğa neyiz? Onda az nemiş tutturursun sizler? Ya bize tuttuğumuz çünkü dünya Uygurçılıktı mı? Bunun prensiplerde, programlarda, nizamnamalarda hatta bunlar acıtlığa hekmi var. Yani bunu mu demişsek olmaydan puluyla bulduğun ayıplarını uçuşlarına işler var. Bizim o hükümetin devletin kırımımız yok. Yani dünya Uygurluğu ama NED, National Endorsement of Democracy deydi. Amerika'daki bir teşkilat naik nurgun puluyla kavaklıktı. Şuna bunlarda iktisat mı var?
Bundan keyin bularning keynida sizning iqtisod ajratib olish ehtimolinglar bormi dunyodagi hukumatlardan Sharq Turkiston surgun hukumat iqtisod ala olamdi bundan keyin xizmat qilib qolsa, proje ko'rsatib qolsa. Bizlar hozircha fokus qilganimiz ham bizning Sharq Turkiston surgun hukumatidan bizning bir yerlardan fondi talab qilish planimiz yo'q. Ammo buning tarmog'idagi kishilik huquq tashkilotimiz bor ana tarmog'ida. Mana bu siyosiy mahbuslarni qo'g'dash fondi jamiyatimizda bular haqiqatan biz fondlarni talab qilib olsak bo'ladi albatta qilamiz. Endi a masalaga qaytib kelsak, biz dunyo huquqining ishiga ishimizni olasak bo'lmaydi deb aralashmadik. Biz xalqimiz ular qanday ishlangan bo'lsa, biz shularga ishini topshirdik bu vazifani. Birga qilib ketalaydi deb qaradik, ammo baxtga qarshi bu ishlar ular qilmaganligidan bo'lmadi. Dushmanimizda kuchli, ularning qo'lidan kelib kuchli, ammo g'alaba qilamiz. Buningdagi sababni ularga atmayman, bizdami bordi. Bizmi qilamiz shunday ichida. Mush so'zning oyig'ini birozdan keyin bersam, men naq maydonda bir telefonni ilib o'tib, undan keyin sizga yana qayta so'z berman. Assalomu alaykum, qarindishim so'zlasangiz bo'ldi. Alaykum assalom. Men Amerikadan bo'lmay, San Fransisko tarafda yashayman. Avval qarindishimiz oldi telefon qilib dedi-ku, masalan, o'quvchilarni yetkash to'g'riliq. Masalan, YSA deymiz, endi yilqi English language deb qo'yamiz, ingliz musulmon ashibanaqa kerak bo'lgan. Menimcha qabul bo'ldi. Agar yordam kerak bo'lsa, mening qo'lim ko'ksimda. Demakchi. Allah razı olsun. Yani bir qarindishimiz chiqdi, yana o'zi siz shaxs shunami? Bir tashkilotga a'zomunda nimami yoki shaxsiy? Ya shaxs ekan, biz tashkilotlar bilan aloqalashib, biz tashkilotni yordam qilishga qo'shildik. Atrofdan o'zimizning atrofimizdan qo'ldan kelgan odamlar bor. Hammasi tashkil etsak bo'ladi. Unda masala yo'q. Allah razı olsun. Nomerimni sizga qoldirib qo'yay. Bo'ldi inshaalloh. Allah qilsa bo'ldi. Chunki Turkiyada Misrdan kelib o'qiyotgan o'quvchilarningki bundan keyin bir Amerika, Yevropaga chiqib o'qiydigan bir plan projelarni o'ylashyapmiz. Agar ashta bo'lib qolsa, sizlar bilan aloqa qilmasak bo'lmaydi. Zat tashkilotlarimiz mutlaq amdilatin buni qilamiz deyapti masalan. Shaxslarning keyin chiqyapti, herhalde shaxslar oldiga o'tib ketyapti inshaalloh. Allah razı olsun. Sizin ovozingizni anglab turyapti Ablaja efendim zaten. Xo'sh. Sen so'rab qo'ymoqchiman, kechiring. Ablaja qanday yaxshimi? Yaxshi ekan, yaxshi turibsizmi? Tunda qanday yaxshimi? Chapajakdanlar. Hammamiz ko'rib turibmiz. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmat, sizga ko'p rahmat. Hayajonda bo'ladi bundaq masala. Yana men bir narsa so'rayman sizdan. O'qishga chiqmaydigan, faqat Amerikaga chiqib Turkiyadagi iqtisodiy qiyinchilik tufayli u yerda yashash nimasidan biroz masalan Yevropaga chiqib Amerikaga chiqib yashasam bo'ldi degan qarindoshlar, normal qarindoshlarga Amerika fuqarolari va yoki siz va yoki kim bo'lsin yordam qila olamdi ashaga ketishiga? Qo'ldan kelsa qilib ishni ma'lumga biz aloqa qilishimiz ham odam bilan. Yana bularga bo'ldi rahmat. Menimcha o'quvchilik vizasini avvalsak bo'ladi deb qarayman har qanday bir odamga. Bo'ldi rahmat. Bo'ldi, ko'p rahmat aytaman, boshqa so'zingiz bo'lmasa taqayman telefonni. Bo'ldi. Rahmat sizga. O'quvchilik taklifnomasi xato deb qo'ydim vizangiz-chi? O'quvchilik taklifnomasi. O'quvchilik bo'ldi. Rahmat sizga, Alloh rozi bo'lsin. Mushundaq bo'ldi, Allohga mana. Fidoyiliklardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Amin. Mana ko'ryapsizlar, sizlardek tashkilot rahbarlarininki ilhomi bilan, umidi bilan xalqimiz, asl bizning xalqimiz bek yaxshi millat-a biz-a. Bir odamga yordam qilsaqli deb turmiz, ammo o'tganki shaxslar va bir qancha tashkilotlarninki da'di bilan xatoligi bilan kishilar yordam qilishdan qo'rqadigan bo'lib ketaylik. Iqtisodiy yordam bo'lsin, boshqa jihatdan yordam bo'lsin. Ammo bundan keyin bunday yuz berib qolib qolsa, endi xalqimiz kechirmaydi bu tashkilotlarni. Chunki biz bakbi jiddiy bir krizisning ichida, o'limning ichida, ya'ni yo'qolish girdovining ichida. Xo'sh, Abayq so'zga Turmamat Hashim apandining so'zi bordek, his qildim chiroyidan o'miyib turibdi. Sizning qo'shim so'zingiz unday emasmi? Men namoz o'qib kiray. Shuni aytsangiz kelib qolibdi ekan. Tamam. Namozingizni bizga ko'p duo qilib qo'ying, Sharq Turkiston xalqiga ko'p duo qilib qo'ying. Kelganda sizga so'z beraman. Har kuni zodi bu duo. İnşallah. Amin. Allah qabul qilsin namozingizni inshaalloh. Hozir kirman. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, sizni saqlaymiz inshaalloh.
Bizim Türk'ten akşam vakit bir vardı. Sizning hamda biroz charchayotsizsiz, bilib turibman. Ya charchamadim, uka meni aytayotganim biz ma ko'rarmanlarni, qarindoshlarimizni charchatib qo'ymaylik da'vatini. Yo'q, yana 5-10 minut vaqtimiz bor, nima kirgichi saqlaylik. Chunki oxirgi so'zing ilishim kerak. Sizningmi psixikangizda ma'lum narsalarni sezyapman, shu bu da'vo uchun, bu xizmat uchun nihoyat jiddiy xizmat qilayotganligingizni bilaman. YouTube'da sizning burungi videolaringiz bormi? YouTube'da so'zlagan. Bor, hangisi bor. Nim deb yozsa chiqadi? Ablajon Leylaman deb yozsa chiqadi. Rahmat. Hangisi bor to'liq ashada. Men asli oilangizning ishini jiq so'rab sizni tag'in besaramjon qilmay degandim, ammo xalqimizmi sizlardek bir pedagogarlarning bo'lishini bağlılığını bilip qalsa deb o'ylayman. O'g'lingizning ishini so'zlashni xohlamsizmi shu? Chunki men anglab ajoyib bir nim qilgandim, bek bir üzülüp shundoq azoblandim, ammo jasoratlangan edim. Xitoyga qarshi jasoratim taxim oshgan. Agar xohlasangiz ashuni qistirib o'tib ketsak bo'ldi. Agar ko'nglingiz buzildigan shu bo'lsa demasakmi mayli? O'g'lingizning Xitoy tarafidan o'ldirilishi vaqasini. Yo'lga buzildi, fikrni shunday deb qo'yishimiz kerak. Chunki bu Xitoy dilidan qo'rqudi desa, sizning nima ish qilganligingizdan, nima ishni qilib bo'lganligingizdan qo'rqmaydi Xitoy. Xitoyning eng cho'ng qo'rqadigani sizning nima ish qila oladiganingizdan qo'rqadi. Xitoyning yana eng cho'ng qo'rqadigani u quroldan qo'rqmaydi, u tashviqotdan qo'rqadi. Chunki u o'zini ashta dazi bo'lani shilim bilan chaplab, qablig'i chaplab yurib azat olgan xalq. Bulardan biri de bu tashviqotdan kuchli. Endi bu chet eldagi bu siyosiy da'vo qilishayotgan mayli men bo'lay, mayli qanday qarindoshlarimiz nima ishqi bularningki vatan ichida, vatan sirtida bularning kimligiga, shaxsiyatiga bir ig'ir tegib bular qattiq azoblaydi desak, bu da'vatni zeriktirish, bularni xotirjam qilmaslik, bularni ruhini o'rgatish, vaqtdan vaqt kelgan chog'da urra deb chiqsangiz, keyingiz bir maydon agashmaydigan qilib qo'yish bu Xitoyning necha ming yillik taktikasi. To'g'ri. Hech chiqmay, mendek bir odamning hech chiqmay uyda o'tirsanmi, mana shu qiladi. Nima agar mushkullarning birda xotirjamlikka erishib qolsa, mushi jamoatini yuztik tutib qolsa, mushi to'g'ri fikrni o'tirib chiqmasa, urrat kerak edan egishib qoladi deb, u sizni jim o'tirsangiz. Mana bu Xitoyning siyosati. Endi shunchaqlarda bu YouTube'larga chiqib men to'g'ri bu da'vorimizning nima da'vo ekanligini qattiq anglab chiqimda soat 7dan 18 min o'tganda balamni qatirib o'tdi Xitoy. Birinchi soat darsga ketib qoldi, u yerda chiqib o'g'lim hozir bo'lsa yana 20 esladimda. Yani zərlidirmi? Zərli etdim. Zərli. Amma demek çoğunun meni alıp alam ölmedi. Nurgul xalqimiz balalarını maaşa derivatı bədi. Ben şu anda birisi. Çünkü bu davada ben şu an vatan xalqqa ben vaqayla bəzdi. Qana menin jigitlerim qanıslaydı. Çünkü ben şu qurbanını bədim, Mehmetlerni bəsin demeyme. Deraristeki yaxşı ama baladiga emimiz bir tatlıq. Lakin Xudo yetqayirni cennet qilsin. Amin, amin. Allah şehitlerini qatardan qilsin oğlumuzni. Ha. Demek çoğunun bezkan, nimbosu bo'lsin, Xitoy bizga ishlab chizmaslik qilib, eshak kuchini o'rtoqam deb, ojizlarimizga, bolalarimizga, işte hujum qiladi bu past, bizning bu dushmanimiz past dushman. Yana bir yomon yeri bu Xudodan qo'rqmaydigan bir dushman, buning xudosi yo'q. Bu bir intayin xatarlik narsa. Chunki Xudodan qo'rqqan bir qaysi dinga ishonsin, bir dinga ishongan odam, bu odam eskilikni hech kim yo'q yerda qildigan bo'lg'achqa, u o'zi shu Xudosidan qo'rqadimdi. Ma iflasda u yo'q. Şuna bu insan kalbinden çıkan mao işini kılalavadı dedik. Endi bundan vakitte biz göz işimizni kuş kuvvetli aylandırıp hemimiz mühürümüzü tirep biz bu vatanımızla emas hatta kısasımızla işimiz gerek bir itlasın biz. Şundak. Bu dava benim yalnız dava, vatanımın davası emas. Benim balamın kısası hem bu. Şunun için beni bu Xitoy bütün tukallarını kırmazsa mı? Yani tukalları başladı. Balağını öldürdü. Biz de öldürüyorsunuz kam. Hiç toktama dedi. Ben şunu diyeyim hiç toktamadım. Ben toktamayım kam. Allah razı olsun. Çünkü ben buralarda ayrıtılan aslanı düşüp yere düşüp zürüküm cıgıldaydı. Bana ölüp etledik ayrıtılan kişi vatandı. Çıkandı çıkmadı. Partlap kitabdı.
Hiç birinden korkmaz oldum dikkat. Çünkü özünün vücudunun boğan perdenin alıp kalan bir dadı için ölüm diye hiç bilmemez kesken. Ben de hiç olmuş Xudayım balam arkalık ölüm korkusunu hep çıkarıverdi. Ben ölümden korkmayayım. Bu kadar. Tukanlarım bir şu. Bunları diyerek balımız gitti. Bizim eklesin dedi. Korkmayın hiç. Allah razı olsun. Bırak yapkan. Allah. Yani sizninki chet elde mustaqillik davası qilganligingiz uchun shu zamonda Xitoy bu suiqasdni ishlatdi. Ular emas ki. Bundan bir bu ben Amerika'ya kelganda birincisi biz bu şu Ferhat Yo'nqashlar kelib Dünya Bankası'nınki bu Xitoyga Sharqiy Turkistonga su qatnashishni hal qilamiz deb oladigan necha milliard dollar vardı. Ben yig'inib ketib, ben buni kesiratdim. Bir. İkincisi Florida'da özüm yalnız bir Jack George İngilizler namayish qilib, aşağı 10 yıl namayish qilib, necha ming mo'yaga salgan. Xitoyning necha ming ish xizmatida ishlaydigan Splendid China Theme Park deydi. Aşağı Nurluq China Parkı vardı. Onun içinde Xitoylar uçlayan Uyghur balalarını kelgan 56 millatning. Aşlarning hemmisine kadar necha ming mo'yaga bag'isini aşağı bizning xonim Gulnur küçük oğlumuz Uyghur, Jack George'un ailesi bir neçeler birleşip günde şart turulup aşağı kelganlarga qog'oz taqib bu Xitoyning propagandasi bunu ishonmanglar dejurib aşağı kelgan odamlarni to'xtatib eng oxirida shu cho'ng parkni hozir cho'kka aylanib ketdi. Necha ming mo'yadiki Xitoy necha milliard pul sarflagan taqrat. Xitoyning meni chaynab versin chiqmaydi. Ammo Xitoy bilimini bilmadiki, balamni o'ltirib, meni qishnab meni azaplayman deb hatta Amerikadagi odamlarni o'zimizning qarindoshlarni menga silib mening yuragimni og'ritib meningki oilamgacha shaxsiy turmushimgacha yuragimni ezib qanday qildi bilamsiz o'zlariniki sunuqim maymunidek ko'ydirib keyin qilichlar bo'ynini chassimi o'lmaydigan chanasimi o'lmaydigan qaltikini quliqiga tiqib hamma uchirgan sunuqim qilib qo'ydi meni hozir bu mana meni tavlab chiqdi bu mana buning natijasi Xitoy meni yangmidi Xitoy meni işte o'ldi Bıçak olan çift mi ültegen olmaydıgan, bıçak tık mı ültegen olmaydıgan, köydesi mi köymeydigan bir adamga aylandırdıkan. Ben bunun neticesi. Ben bunu demekçi. Allah razı olsun. Allah cesaretinizin takım güçlük kılıp versin. Rahmet çıkar. Şu an biz şu Ahmetcan başlık bunundaki biz bütün vücudumla tirişip, cıkkepni, kuruk kepni az kılsak bulundurken biz hem de sizlerge Xudayim birsa yeni vaktim görüşken çıkımızda biz sizge resmi bir, hakiki bir netice bilen, bir hizmet bilen, bir narsa bilen kelimiz aldığımız. Bu mesela çakırsanız çıkmayın ben burada. Çünkü biz sizge milletimiz için deyiz ki Xudayim birsa biz konumuzun keliş tırşanlığımızı gösterip biz planını pek çok olmayı 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık planlarını tüzüp biz şunu vakti hal kılıp halkımız halkasına ağılıp durmuşken. Xudayim birsa balığımızın çok oldu, hatırcam bulduk. Hem de bizden milletten başka hiç neyimiz kalmadı. Yani çıkımda 10 tinin olsun milletin, 10 minut vaktin olsun milletin. Allah razı olsun, rahmet, Allah razı olsun. İnşallah kiler qetimlik programı çoğum sizlerinin yeni hizmetinler bilen biz onu devam edip bille fikranı kelişinizle ümit kılamayın inşallah. Hoş. O Tur Mehmet Efendi ikranı kelsi ayıqıdaki sözünü ele ötüpla ikranını taqsaq boludu. Hazır asasen men soraydigan suallarımı sordum. Yani bir qancha suallar var idi ama Yo'q, bizning programmalarimiz shu 2 soat, 2,5 soat, ba'zi 3 soat davom qilyotdi. Biz chunki bizning televiziya stansiyamiz bo'lmagandan keyin andaq 1,5 soat, 1 soat qilinmaydi ekanmiz. Sizlar bilan biz 1,5 oyning oldida ko'rishdik-mi? Hisobda yodimda qoldi. 2 oy bo'ldimi? 2 oyning oldida ko'rishgandik. 2 oydan keyin ikronga kelishga nasib bo'ldi. Bizning bu Facebook'taki kanalımız undaq televizorga o'xshash ish qilolmaymiz hozir. Undaq 1,5 soat, 40 minut qilibla g'acha taqab boshqa programmalarni bunda qilolmaymiz. Undaq gapni cho'ng qilgan bilan undaq bo'lmaydi ekan. 2 oyda bir aran ko'rishaldik mana. Shunga shu programmamiz 2 soat, 3 soat davomlashib qoladi. Amalimiz yo'q hozircha. Keyin televiziya stansiyasi qurgan vaqtimizda yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh. Abay qarindoshlarimiz inkos yozibdi. Sizning ovozingiz yuqori, ularning tövəndə biz shu televiziya stansiyamiz qurilgandan ishlar yaxshi bo'lib ketdi siz qarindoshlar. Uningdan boshqa men bugun biroz ko'proq yo'tilib qo'ydim. Uni kechirib olsanglar. Meningki shu yo'tildigan kesilimni davolatishim lozim bo'ladi ekan. Amalim yo'q hozircha. O'zimni nihoyatda ching tutib turman.
Üçüncüsü sizlarga jiq qarindoshlar duo qilibdi. Allah ajringizni bersin debdi. Allah yotgan yerini jannatga qilsin debdi. Rahmat. Bu qisasni biz orqali ilishni nasib qilsin debdi. Hem to'g'ri sizning ash gapingiz shu qisas ilishni o'rgatishimiz kerak-ku biz. Uyinishimiz kerak, o'rgatishimiz debdimi? O'rganishimiz kerak. Chunki bu oilamiz masalasi bor bu yerda. Oilamizga tajovuz qilyapti bugungi kunda. Analarimizni, dadalarimizni ekitib o jazo lagerlariga so'latdi. Hamda hozir tungin o'lishgungi xabarda mushtaq o't ko'ydiradigan bir yerlarni silayotganligi ma'lum bo'ldi. Tungingi programmamizda shuni deb o'tib ketdik. Xitoylarning shunday yerlarni, ya'ni o'tga chidamchanlik qurilishlarni silib, yana xo'sh. Kam gapimni birlikte benim dayılanım xalqimizga yana bir deb qo'ydigan gapim nergiz ümidsizlanmasin xalq. Xudoyim hech qachon bandisiga o'zi ko'tarolmaydigan darajada azob bermaydi. Men mi chidadim ashnaqa? Ishonmanki millatimiz bu ishlarni beshini o'tkazib, bu dushmandan amal oldi bu qissasini ham. Hozir bu bizning oilamizga bostirib kirdi. Onalarimiz, singillarimiz, qizlarimiz yotadigan uylarimizga bostirib kirdi. Bunu asli Amerika'da olsa oyunu sırkırgadan etüdüğün devlet mi o? Bizim ailemiz için bastırıp kıravatıdır. Bir. İkincisi bizim ölüklerimizge, tireklerimiz uyaktırsın. Bu alemden ötken bizim rahmetlik meyitlerimizden namazını düşürüş kim olsa kılmadığı bir ihtilas. Ağırıp kağalarını ekirip, okul silip, hussuzlandırıp, bunları davaldık, epres kıldık hep işki adamını uğurlanması etibadı. Dep gelsek bu 21. asırda insanga işendiğini bulmaydıgan bir narsa. Bir ketim benim bir profesörüm ne degan desiniz? Xalqaralıkmış, ara biz degan şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki sotunun sotçisi o profesör Bin degan ayol bana xalqaro kişilik hukuk dersi beretti. Şu ayol Uygurların ahvalını anlatıp aldı. Bana bir bütün Law School kanun mektebinde okuyuşunu çıkıp bana bir söz vergen. Şu çağda ben de ucadı ma işler yoktu. Ben pilalar topladılar. O 7 aylık 8 aylık balların anısından kosuğda okul sepip şuraya ahvallarını. Elek ballarını itip öldürüp ölgen pulunu atanısının okuduğu pulunu sorayda kaldıklarını. Xitay'ın köpler hemmini dep gelsem halağı çıkıp okuyucularımın gözleri geçip gitti. Halağı çıkandaki men aç profesör ben nindi dedi. Ses tatip bilir misiniz? Ya Sinan degen o yağan Mr. Barat ya Mr. Can deytimini. Ya ki Sinan milletten şunu könek degen bana. Bu mesela 21. asırda sen degen narsanın hemmisini şu milletin kılıp etip adırıcı biten xalqara bilmegide yetqanmasa Sinan ya milletin jatak var ya Sinan degen o yağan degen bana. Unda olsa manada bakayınca demiştim ki hey hakkında işendiğini bulmaydı azapta çıkartmamız kan biz. Şuna. Unda olsa bizden hazır kıldırgan bir vazifemiz Ahmet Cemil Akşam oldu işte. Bizden edebiyatımızdan, bizden tilimizden, bizden sanatimizden güçünü göstergen vakit geldi bana. Biz halkımızdan uyguladığın, hemimizden uyguladığın vaktimiz geldi. Bu ölüm degenlik ki başkalar öldürmezse bir yanıza özü çıkıp onu ilişki ölçüyen dozak kıldığı şey olmaydı fikam. Hazır milletten sallaydığı vakit geldi. Biz arkası da bizim de ya özümüz kıyarcınımızı atıdık. Ama bu milletin sözü, bu Xitay'la boğan bu davada onun öyle bir oturup muğduş fel olduğu dava emes bu. Da kalkılanmayız burayı. O bizni kan töküp, kanılan, mesela Xitay'ın başlığı Mao diye Xitay öz vaktida miltiqtin hakimiyet çıkıdı gen nazariyemiz boyunca ele algamızdı. Ondan bizim için miltiqtin hakimiyet çıkıdı bilen tatavamız burayı. Haga bu gap bilen emes. İnşallah. Bu bizni şu Uygurların makalı var, bütün ışıkkas katandaydıgan. Ne öyle boğan bize şunu oluşayız biz bunu. Aldınız mı kan? Ama bundan başkasından hemmesi korku nazariye. Abay ben degende devamlı kılıp ziyaret atkan ticaretini kılıvergen dük ticaretçiye okşar. Burada atışmalar anlap kalsın, üttürü tutup sağladı. İşte işte. Şuna ben demek oğlum, zade abay size kadar 25-30 yıllarımızda biz özümüz için bir işlerini kıldık da vatandakiler acayip gönlük gitmemiz. Çok muzulağını aldılar. Bizim, ben şu an yiyen tamakım haram mı üçün? Kaç gün ben Facebook, ben Lamizeli de yazdım üzerine çok o gayeten. Demiş Kafkam, işte değişik mecbur olduk. Annemiz, sanlımız, kızlarımızın yeniga Xitay'ın erkeklerini ikilip yatkızıvazsa, kızlarımızın Xitay'ları mecbur toy kıldırıvazsa, biz salağa durup 3 vakit tamak yap, 5 vakit namazı okup cennet kirimizde tamaklandık. Bunda iş yok.
Çünkü bu merkada bir mezlum milletke özünün acizleriga, ailesiga, kızlarıga, ballarıga, anasıga düşman kirip tecavüz kılganda onu tapan astıga ağaçıda onu qoğlap çıkıp tuprağında eyde çıkıp düşmanını yoktuz 5 vakit namazdan mı bulup çıkıp şerkanın biri biz üçün. Bana bu erkeklerin vazifesi. Şunun için ben 3 vakit yegen tamağımda bunu mıskanım ben. Hatta ben yaş tamak mıydı adına çıkın bunu. Koğlum buzulup. Eğer lager demeye atkandı kalıqtı. Qaysı yüzümüzle yaşayımız yine tukamaya, qaysı yüzümüzle anımızdan kır yuyduğun, kiyimini almıştırdığın, tamak yeydiğin, küçük kızlarımızda yalavaşlap dasısıp yuyduğun öylerde Xitayla yastığa gelipken, kızlarımızda çıkıp Xitayla bir aşağı yaş görüp degende ya anamni, akemni, tutqanlarını ötürgen maqtada qo'qab tegayotib jinimkan dunyoda bir qiz bolaning bir o'zi yosh ko'rmagan odam bilan yalang'och yetishtirib ortiq bir azob bo'ladi jinimkan dunyoda. Mushkulga kim qo'yishi millatni? Men qo'ydim, biz qo'ydik. Biz mush to'g'ri qilmaymiz millatni. Mushtaqilib faqat biz. Xitoy emas bu. Cho'nglar jinoyatini yuvish kerak demoqchimisiz? Biz shu degani 5 yil bo'lgandan ashta bo'ladi. Bizdan boshlanish kerak bu. Biz o'ngishimiz kerak o'zimizni. Bizlik şatağını tüzsek, hem de bizlik şatağını tüzetmesek, biz bu milletin tüketişsin ki en çok haini, en çok satkını biz bu kalırız dava kılıvatkanlar. Hain degen taladan çıkmayı da vatanperverler için çıkırızken, o bilip bilmeyi hatalışı vatandaşlar halkına azap koyuyor. Bana bu bize davadan hatalığı. Bakın ki mesela ki oğlumuzun kadar bir üsküden... Oldu, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Turmahmet Haşim Efendi namazını obda okup oldu mu? Uzurak okup etli mi bugün? Allah'a şükür, Allah'a şükür. Bizim bu fecir namazımız, etkiledik. Selik fecir namazımız. Rahmet. Allah kabul kılsın. Ma bir telefon kep kal, telefonun keldi sizlarga sözünü bereyim. Hoş hoş. Assalomu alaykum, qarindishim, so'zlasangiz bo'ldi. Va alaykum assalom. Oldi bilan shu uchinlarga tajalli etgandim sizga, Turmahmet ustozimizga, Ablaydan ustozimizga köpten köp rahmet. Hammalar şundan millet vatan davası için kuchayatsizlar, tirishyatsizlar. Barliq hava ejronlarni ko'rib turibmiz. Ama Ablajon akamizni maktab o'qimaydi ekanman, bugun o'qibdi. Nayt satolda va shundan qaragan jiq liderlarimiz bor, o'qimaydi ekanman papa. Men bugun gaplarni anglab shunda xush bo'ldim, shunda ta'sirlandim. Bizga bir ilhom bo'ldi. Yana bir qadam oldiga bajitdamiz yoshlarni. Anam kimin deydigan gapim endi inan deydigan gapim siz o'tganda bir shu televiziyadan qurdigan bir gapni qilgandingiz, men qo'ygandim, lekin bu ish jimsizlik bo'lib qoldi hozir. Mush to'g'risida bir qanday planingiz bor, bir qachon boshlaymiz pul to'playdigan, iyam to'playdigan ishlarni. Bo'lsa ham shu tashviqotga dagrab kuchigan bo'lsak, men yaxshi bo'ldi, bir televiziya stansiyasi yo'q hozircha o'zimizniki. Buningga bu çetel nurlu Uygurlar var. $1 ya $2'dan ne yapsak mı nurlu bulup gidiyor. Biz kırın bulduğu işlemişler. Bu moşunuzda siz bir bekle bir küçük bir ne kadar bolsanız bir işini başlayırken bolsak, teşviqatla bekle küçükken bolsak. Allah razı olsun. Abay dediniz siz bu Ablacan Leylnama efendimni men bilmeydi ekanman deb. Asli Ablacan Leylnamandek bu siyasi liderler yoki inqilobchilar Xitoyga qarshi bu mücadele qilayotganlar yomon ko'p. Bizning undaq odamlarimiz bor, bizning tashviqotimiz yo'qdi. Biz bu ishkironni qurib chiqib, shaxsan men bir din o'qigan odam o'zimninki tabliğ darslarimni tashlab hozir bir muxbirga aylanib, shu bu orqali shu Ablajon Leylnamandek, Turmahmet Hashimdek va uningdan boshqa nurg'un odamlarni ishkiron qilib chiqib xalqimiz bilan tanishtiryapmiz. Hozir bu bir yaxshi ketyapti inshaalloh. Endi shunga agar tashviqni yaxshi qila olsak, bunda bizga umid beradigan, xalqimizga bir yetakchilik qilsak deydigan, yoshlarni qo'llaydigan o'zining men Ablajon Leylnama efendimning men bugun jiq gaplardan suyundim. Bu o'zining gunohini tonish deganmi bak cho'ng avval, cho'ng fazilat, cho'ng axloq bu. Yani bu yer deganimiz bu odamning gunohi bor demoqchi emasman. Tashviqot tashkilotining rahbarlari, jiq rahbarlar o'zining gunohini to'nig'il unamayotdi bugungacha. Biz miyada xato qildik deyishdan nomus qilyotdi yoki jasorat qilolmadi. Bugun mushundaq bir rahbarlarning chiqib
biz işte xatolik o'tkazdik, işte biz o'zimizni manda dedik, Facebook'ka manda deb yozdik deb deyishi, demakki bizningki cho'nglarimizningki bundan keyin nurg'un ishlarni qila oladiganliginingki qadamini tashlaganligidan bu bir jasorat, bu bir iymon, axloq buchu. Yo'q, biz to'g'rilam qildik. Biz to'g'ri qildik. Bizning burun qilgan inqilobimizning hammasi to'g'ri edi deb turilish, mana bu jahillik, bu bir xatolik. Men gapni uzun qilmasam, ma televiziya masalasida men projeni tuzib qo'yg'ili xili uzun bo'ldi, ammo buni oshkorlasak bo'lmaydi. Xitoy har yerda buni to'silib nim qiladi. Bu shu tor televiziyamizni taraqqiy qildiramiz deb nim qilyapmiz. Buni iqtisodiy jihatdan qo'llash masalasida ham hozirgacha xalqimizga hammanglab jimochindan pul chiqarang deb bunday gap demadik. Ammo bu jihatni qo'llaydigan qarindoshlar bo'lsa, ayrim menga til qilib yoki ayrim xat yozib nim qilsa, men projeni uvatib turman. Ba'zi projelarni oshkorladik, ba'zini oshkorlamadik. Uvatib bu televiziya quradigan ishni biz nim qilsak bo'ladi. Chunki buning iqtisod ketadigan ish, aql ketadigan ish, buning siyosiy, tashkiliy xizmat ketadigan ishlarda. Shuning uchun ham hozircha xalqimizga ham $5 pul chiqaranglar televiziya quramiz degan gapni qilmadik, chunki bu endi xalqimizning beshida ishmi bakjiq, ham nomus qilyapmiz, ham buningga taq jasorat qilib boqmadik. Ammo yordam qilib shu televiziya qurilsa deydigan qarindoshlar bo'lsa, biz projeni uvatimiz naq maydonda. O'ziga ham uvatib berib, mana projemiz, planimiz bor deb, uning yordamini olsak bo'ladi. Ya'ni buni taraqqiy qildirsak bo'ladi yani. Bunday gap tajribani gapimiz bilmayaptim. Sizni zaten hamimiz bilamiz. Sizningki samimiyligingizni, vatan havasini, pishatqingizni bilamiz. Projeni masalan öğretmesiniz bunu da bazı işlerde ben takip etmişim deseniz sizde kapağını yaxşı. Bu iyanıqlığa işlegenge hiç kaç şey etken öyle oturup telefon bilen bir evetin bulurken okul degende. Bunu da ne kısa ondan ben üzerinde başlayayım ben ilgisinden sizi kart numaranızı aktarırsın ben bunu evet üzerine atalım ne. Muş arkalık bir azıcık şu paranız şirket arkalık ben böyle tüttül Şarkı Türkistan halkına bir gepimde muşu televiziya istasyonu qo'llash to'g'riliq bir mush gepimni bir yetkazib qo'ysan xalqda bo'lsa mush ishni baldiroq qilsa masalan mush Turmuhammad akamizni o'tganda Yaponiyada yig'ilish namoyish qilgan Ovoz yo'q qoldi. Yo'q, yana bir Amerikadan yana bir yerdan telefon kelib qoldi. Mush isqaburini qilsak analikin anadaki ablacı hakkımızın bayanına oğlunun gibine anında demeden ablacığın hakkımızdan ki balısı bizden karındişimiz onun kısası eliş bizden mecburiyetimiz bizden vazifemiz tersimiz hemimiz küçümüzek bulmaydı bu işte hemimiz küçeydi hazır en mühime televizyon istasyonu kurup çıkmış ben bu imkan bu bunu çık nurgun işler bakın dünya arkadaşlar bulanattan biz okumayı verip de nurgun kahramanlarımız varken nurgun liderlerimiz varken evde iş kalatkan biz okumayı dikemiz anın dikin ahırda yılgan gibim sabah heyecanlı kalıp kapılmalar bayatına Amerika'daki yaşlarımız kardeşlerimiz teşkilat Amerika'dan bana to'xtamay telefon kirib. Assalomu alaykum. Siz sel turib bo'lsangiz bo'pti ekan, majal naq maydonda deytimi? Sel turib bo'lsangiz naq maydonda deytim, men sel turib men sizga uray, ya. Qarindishim kechirsiz, men to'xtamay telefon kelib, telefon uzilib ketib qoldi. Davom qilsangiz bo'ldi. Bizde işler bozulsa erkenden tepkisimiz nedir? Bizim okulumuzda ya bizim karşılığımız kılavuzumuz için biz hem bir teşkilat tabi bulmuşsak mı? Bizim o kılavuzumuz yardımımız kısak bu da Türkiye tarafından çok. Bayağı yıllarlar karındaşlar dostlarımız bu kalan bulamdı ya kimanda bir müştebahatlı bir kıtırga işler bulamdı. Eşkanda hep bu talep kılmayımız kılavuzumuz kıpırımız. Allah razı olsun, rahmet. Çünkü ma Saudiya Arabistan'dan hazır yetkiliş tersi buladı da Türkiye'ye keliş tersi buladı da. İnşallah bu qarindoshlarimiz biz bilan aloqalashib bizim yo'l izlayapmiz. Agar nimqis siz bilan aloqalashtirib shu ba'zi
davlatlar qismini hozir biroz jiddiylashyapti-ku ishlar. Shu biroz rohat yerga aloqalash uchun nim qilayli. Bo'ladi, men gap so'zingiz bo'lsa yana qayta telefon qiling, ha? Men telefon bek muhim o'xshaydi, bek jiq urib ketdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xo'sh. Alaykum assalom. Xo'sh. Abdullajon, Mevlun Aman degan bu qarindishimiz uchun gap qilmoq uchun telefon qildim. Bo'ladi. So'z Hozir bularmi gapni? bo'ladi. So'z qilsangiz bo'ladi. Programmani o'chirib o'ting, yana bir programmani o'chirib o'tib so'zlasangiz bo'ldi. Ma'qul, o'chirsak. Ana ovoz kirib bordi chunki. Hozircha Yaxshi ham so'zlasangiz bo'ldi. bu qarindishimizni burun turmak ekanman, bu programma yaqinda yoqib ko'rdim. Bizim milletimizga naq bilan mushundaq azimatlar lozim. Naq mushundaq insonlar lozim. Rahmat. Bizga kerakli insonlar bu. Bu odamning tashviqoti teknik bo'lish kerak. Hozirgi vaziyatda bo'libmi? Televizorlarda chiqish kerak, Facebook chiqish kerak. Sen vaziratga Uyg'ur xalqi anlash kerak, bilish kerak, ko'rish kerak. Tam bir Uyg'ur zamanı hazır Uygur'un Allah razı olsun. olsun. Nasihatlandık. Allah razı olsun. Ailesiyle baktık. Selametlik buluşuna ve özellikle Uygurların iki meselesinde tırını yakşı rol oyuncusu ümit kırmam. Rahmet sizga. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmat. Sözler tugudimi? Tügüdü. Allah razı olsun, rahmet. Biz bundaq qarindoshlarimizning, akalarimizning ishkiranga chiqishini biz men shaxsan bizning studio bekjiqni o'ylaymiz, ammo kunda programma qilsak xalq zerikib qolmasin, bo'lmasa hozir kunda programma qilsak, shu siyosiy liderlar bo'lsin, olimlar. Hozir masalan uzun bo'ldi. Bu Erkin Sidiq afandim bilan boshlagan men bu programmani. Ash odamga navbat kelmadi hozir. 3 oy bo'lib ketdi. Shu odam ko'p, vaqt bek ziq, har kun programma qilsak xalq zerikib ketadi ekan, ham ko'p nim qildi ekan, programmamizga nisbatan biroz yaxshi bo'lmaydi ekan, keyin-keyindan qilib xalqni ulgu etmay qoldi ekanmiz. Shunga inshaalloh buningdan keyin bir tor televiziyasiga taraqqiy qilamiz deb o'ylashyapmiz. Unda o'ylab qolsam, programmalarimiz nihoyat go'zal, taqim retlik bo'ladi. Bugun men shu munosabat bilan deb qo'ysam, Uyg'ur qarindoshlik studiyasi uchun bir ishxona ko'rib keldim atagandan beri. İşxana ko'rdik. Studioni ishxonlashtirish avval, televiziya qurishdan burun. İşxonamiz bo'lgandan keyin andin televiziyaga taraqqiy qilamiz deb boshda tor televiziyasiga, undan keyin Sunamra televiziyasiga qarab bundaq faoliyat qilaylik deymiz, ammo bu faqat shu xalqimizning dastiki bilan, qo'llashi bilan bo'ladi qarindoshlar. Biz bu yerda kunni chiqib sizlarga bimocham beringlar, manch pul beringlar deb tilamchilik qilib bundaq yuz yo'q bizda gapning rosti. Shaxsan biz uni ko'nmagan bir millat ekanmiz. Qancha qiyinchilik tolsak degimiz kelmaydi ekan, diyolmaydi ekanmiz. O'zinglarni so'rab, bu xizmatni qilayotgan insonlarga, tashkilotlarga, shaxslarga o'zingni telefon qilib, mening yordamim bor deb va yoki ularni izlab qilsanglar, bu sizlarning majburiyatinglar. Cho'qim bu yerda tilamchiga aylanishimiz kerak emas. Bu siyosiy da'vodagilar bu xizmatni qilayotganlar shaxsan men tilamchi bo'lishimiz kerakmi sizlarga? Telefon qilib menga manch pul bergin, ya menga manch pul ketdi deb o'zimiz deyishimiz kerak emas bu yerda. Shuning bizni xijil qilmay, o'zinglar nim qilsanglar, biz bu ishni taraqqiy qildiramiz. Pat yaqinda tor televiziyamiz bo'ladi. Har xil programmalar bo'ladi, faqat suhbatlar emas. Undan keyin televiziya kanallarini ijara olaymiz inshaalloh. Bu ish taraqqiy qiladi. Rahmat sizlarga. Boshqa gaplar bo'lmasa telefonni taqayman. Ben yana bir gap qo'ysam. Sizdeki kartlarını çıkarıp koysanız açık Facebook'taki ilan üstürürken kartlar. Şöyle çıkıp koysanız da. Bo'ladi inshaalloh. Men u yerga chiqarib qo'yolmayman. WhatsApp adresim bor, hamda uni u yerga chiqarib butun xalq siyliq chechib qiyg'im yo'q shaxsan. Hamda biz din o'qigan insonlar inovatimizga diqqat qilmasa qolmaydi. Chunki Xitoy bizni elimiz karam, sizden bu diyenlerin toğda bütün hazırki vaziyette bu her bir erkek kendine tomurdu Uygur diyen kendine yatılıklarla insan olsa bayda burçun burçunun katlinedir. Biz boynumuzdaki bir burçumuz bu. Buna ada kılıç mukaddes
Buna her birimiz bunda düşünüşümüz gerek. Gerçek bir adamın ki şartlı işlemez bu yardımında adamın kişi yardımında bu işlemez bunu çok komuttur. Boynumuzdaki bir burcumuzdan karşımız gerek bunu. Allah razı olsun. Bo'ladi, rahmat sizga hamsa. Allah razı olsun. Sizdan mijiq xursand bo'ldik. Rahmat sizga. Davomli programmalarımızga qatnashib turishingizni qarshi olaman. Bo'ladi. Rahmat hamsa. Allah razı olsun. Xalqimiz bek jasoratlik, bek jur'atlik, bek ajoyib bir yaxshi bir kayfiyatning ichida inshaalloh. Buningdan Allohimizni bir ta'sirlantira olsak, Allohimiz bir ta'sirlanib ketsa inshaalloh cho'qim bir yaxshi bo'ladi deymi. Yana bir telefon keldi bu programmaning oyog'ida biroz jallanayapmiz herhalde. Xo'sh so'zlisi bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yaxshi ulanmay qoldi. Turmamat efendim, ben sizden ahirki sözünüzü alsam, ondan keyin Ablacan Leylama efendimden ahirki sözünü alsam, programımız ahirlası oldu. Hoş. Rahmet. Arlıqda namaz bilan, so'qir bilan bo'lib men bir qism so'zlarni anglayolmay qoldim. Allohjon qarinishini dinlar dedi. Bilmay qoldim. Endi bugungi suhbat yaxshi bo'lardi. Endi bu sürgün hükümet meselesi doğruluq şəxsən mənim özümün nurgun tənqidi fikirlərim var. Lakin bugünkü bu sorunda biz bu sürgün hükümetin meselesini müzakirə qılmadıq. Faqatla şu milletin beşikli akan bu zulmü qandaq qutuluş muş doğruluq Ablacan qardaşımız hemen Hüseyin qardaşımızla üçümüz söhbətləşib elib bardıq. Yəni yaxşı oldu. Endi biz şu yakında bu yazda bir teşkilat kurmakçı. Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi'yle. Bunun tayarlıqını biz ağzına kılıp gitip varımız. İnşallah şu yaz təhsildə 8-ci ayımı, 9-cu ayımı vaxtını bekitmedik. Müstakil teşkilatını kurup çıkımız. Çünkü biz yukarı mən dəb ettim, biz 3 yol hukukunu kolumuz elişimiz gerektir. Bunun için en mühimi iyilik hukukumuzu katli kolumuz almasak olmaydı. Bunun özü müstakillik. Şu an biz bu teşkilatımızın namını mı Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi edip koymakçı. Bu cihette biz elbette Allah'ın Leylamet kardeşimiz ve başkalarıyla biz okşaş. Hiç kandak bizimki aramızda bir nesi yok. Fakat şu sürgün hükümet bu bir vatanninki, bir devletninki hükümeti boğanlık için bu meseleyi genç adam bizden aitti. Salmalık olan aitti. Temkinlik olan bütün milletinki iradesi vekillik kılgan bir şekilde bundan bir hükümet kuruluş gerek. Şu an bazı sürgün hükümet doğruluk kulaktan fikirlerimi asas ettim. Muşun çıkış kılıp, muşun asas kılıp kulaktan sözler bu. Aksi bu sürgün hükümetteki yazılım bu kardeşimizle boğan hücum emez. Belki bizimki sürgün hükümet degen bir tunuşumuz ve bu sürgün hükümetki boğan talebimiz başkaça bir buludan bir yerde. Şu ergizme ama sürgün hükümetki boğan ben tanqidi fikirlerini sürgün hükümeti dep şunu almıştırıp koyulu kelimeni sürgün hükümeti. Sürgün hükümeti. Sürgün hükümeti. Sürgün hükümet. Sürgündü emez, sürgün dep deyibitile çünkü. Sürgün hükümet Ha, sürgün. Ben yoqlayım. Xitoy do'qonchi ba'zilar grammatik uygun kelmay asıllar chiqishi mumkin. Yani bir şey tuzitib qo'yay dedim, amaliyot cho'ngmasdan emas. Sürgün hükümet hamda. Sürgün hükümet. Sürgün hükümet. Mush qanday biz ba'zilar tanqidiy fikrlarni to'g'ri qabul qilib, haqiqiy o'zimizning millatimizningki qonuniy sürgün hükümetimizni qurib chiqishga buniki nurg'un qilgan ishlar bor. Bu jihatda asos tiklanib bo'ldi. Şu bu to'g'riliq men ortiq gap qilgim yo'q endi. Yaponiyadagi Uyg'urlarga xo'sh. Yaponiyadagi Uyg'urlarga nima deysiz? Ya'ni Yaponiyadan bir uchqundusun, Yaponiyadan bir o't ko'ysin, Yaponiyadagi Uyg'urlarni bir o'rnidan tursin, hamda bu Yaponiyadagi Uyg'urlarning ota-onalari yana shu ay nimaning ichida, Xitoyning jazo lagerlarining ichida Yaponiya bir qo'zg'alsin hamda. Ularga nima deysiz? Endi Yaponiyadagi bu davaniki ahvolni men yo'qib tunishib o'tdim. Biz asosni qurib bo'ldik. Hamma ish bizga aytib. Mayli Dünya Uyg'ur qurultiyi kelsin yoki boshqalar kelsin yoki Rabiya Qodir xonim kelsin,
bizning bu qurgan asosimiz asosan yaqinda ishni qilgan bo'ldi hozir. Faqat shu Yaponiyadagi bu Uyg'urlarning da'vosi asli ega chiqish, eng muhim ega chiqilganlar Yaponiyadagi Uyg'urlar bo'lishi kerak. Lekin bizning hozir amaliy ahvolimiz bu Yaponiyada haqiqiy Uyg'ur da'vosini qilayotgan haqiqiy o'g'il boldan. Meni atrofimda 5 bola yo'q-da. 5 bola yo'q. Men o'g'il bolamni bizlik qilayli, e'tiromga taqarab kelgan 5 odam yo'q-da. Qizlar bormi, qizlar? Hozir amaliy ahvolimiz. Shunga men Yaponiyadagi bu qarindoshlarga deydiganim tunugimni bu qadr kechasida biz obdan suhbatlashdik, men odam deb o'tdim. Bu bir nat yaxshi boshlanish bo'ldi. Shunga men ishonamanki Yaponiyadagi bu Uyg'ur qarindoshlarimiz belni bog'lab bo'ldi. Allah razı olsun. 20-30 o'g'il bola, qizlarimiz, ayollarimiz, xonim qizlarimiz chiqadi, erkaklarimiz chiqadi. Bunga mening ishonchim komil. Tungi men hammasidan quchoqlashib, rasmiy ko'rishib keldim. Bularning irodasining herhalde bir mukammal holat kelganligiga mening ko'zim yetdi. Alloh taolo endi bizni shunday bir o'rnimizdan turishga, mush qadr kechasida bizga madad berdi Alloh taolo. Allah razı olsun. Hüseyin efendim, Ablacan efendim ve başkalar şu bugünkü bizdeki şu söhbetimizi anlatkan bütün dünyadaki kardeşlerine ben şunu cekalmak ki Japonya'dan bununki Uygurlar oturup çıkıldı. 10, 20, 30 hatta 100 erkekler hanım kızlarımız oturup çıkıldı. Bunu hatırlayacağım bulanlar. Allah razı olsun. Japonya'daki Uygurlar yapılışının azır acizdi kalmadı. Rahmet. Men bir yığız çaqçaq qildim, qizlar bormi deb. Chunki hozir ayollarimiz yomon chiqyapti-da, maydonda bor. Qizlar chiqyapti-da, ama erkaklar yana az. Shuning uchun men atrofimizda yana bunga loyiq endi qizlar chiqqan yerda erkaklar ham cho'qim chiqsin deb siz ko'ngil ayab deyapsiz, ishingizda yomon bir bunga nisbatan bir nimangiz ochig'ingiz bo'lish kerak, bir Uyg'ur bola sifatimiz bilan. Qinimizda shundoq bor. Yaponiyadagi Uyg'urlar men desam, qarindoshlar, Yaponiyadagi qarindoshlar ilmi gunohinglarni kechiruvimiz inshaalloh. Yaponiyada siyosiy faoliyat ijtimoiy shaklda jiq yaxshi bo'lanmadi deb o'ylayman. Siyosiy lobbichilik yaxshi bo'ldi. Xonimni jiq berib, hukumatlar bilan ko'rishib jiq yaxshi ishlar bo'ldi Yaponiyada. Ammo mushu Uyg'urlarning birlashib tashkilotchilik bu masalalarda yomon ojiz bo'lib qoldi. Shunga buningdan keyin hamda chiqmasanglar, hamda kechirgili bo'lmaydi. Shunga Yaponiya Uyg'urlari Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ma inqilobning yeniga kelinglar, ma mujodilning yeniga kelinglar, yerlik tashkilotlarning yeniga kelinglar, Uyg'ur birlik tashkiloti olsun, boshqa bu Uyg'ur uchun xizmat qilaman deyotgan kishilarning qishig'i o'lishinglarni qarindoshlik studiyasi tarafidan men talab qilaman. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Ablajon Leynamani ben Xo'sh. Menga bir gap azaq bir vaqt bering. Men bir narsa esim kelib qolmadi deydi. Xo'sh. Bo'lamda? Bo'ladi desangiz bo'ldi. Qarang, shuni oldidan men shu vaqtda Yaponiyaning ma'rif ministri Shimomura Hakumu efendimdi. Ve Shimomura efendimga men ko'rishni talab qildim. Talab qilib, nima qilsam u odam aldirash dedi, o'zining birinchi katibini men bilan ko'rishdi. Shu vaqtda men nima uchun ko'rishdim degancha men Shimomura efendimga bir iltimos sundim. Yaponiyada hozir 7-800 o'qiyotdi. Lekin Yaponiya hukumati uzun yilning yog'i shu o'quvchilar yordam berish pulini Xitoyga nuqliq beryapti. Lekin Xitoy bir Uyg'urga o'qish puli yordam puli bermaydi. Shuning uchun sizlar shu Yaponiyada o'qiyotgan Uyg'urlarimizga shu o'qish yordam puli bersanglar deb bu talabni qo'ydim. Desam, u ayol bo'ldi, men ministerga yetkazma, hurmat etmadim deb mening iltimosimni qilib, bir haftadan keyin men telefon keldi. Telefon qilib men Shimomura efendimga yetkazdim talabingizni. Bizga 5 odamninki amaliy hikoyasini deb bersangiz, ular qanday iltimos qildi Yaponiyaga kelishni, Yaponiyaga kelgandan keyin nima qiyinchiliklarga duch keldi, hozir nima qiyinchiligi bor, bundan keyin nima qilmoqchi, mushunday 4-5 mazmunni o'z ichiga olgan har birisi ikki varaqdan birini yozib bersin degandan keyin men shunday xush bo'ldim-da, endi bizning ishimiz aniq bo'ldi ekan. Shu vaqtda men o'zim bilgan bolalarga telefon urib birdan ukam mana shunaqa narsa kerak bo'lib qolganda o'zinglarningki bir hikoyasini menga ikki varaq qilib yaponcha yozib bersanglar deb 5 odamga ayrim telefon urdi.
siz vurup vay buludu. Buldu dedi. Bir hafta öttü. İş karşısında ben iki hafta vakit verdim. İki hafta öttü. İş karşısında cevap gelmedi. Bir ay öttü. Cevap gelmedi. Ahırsıda ben telefonu olgan 5-6 adamdan bir parça bana xat gelmedi. Şunu aldım. Keyin nayet üzem kızıl bulap bu nimege ministerinin katıfıga ben dedim. Bizim adamlarımız muşnaqı doklat birisi mi qo'rqaydi ekan? Hanım. Qanday qilamiz? Desem undaq bo'lsa shu hozir o'qiyotganlar emas, o'qish tutaganlar bo'lsa, o'qish tutaganlar bo'lsa o'zining hikoyasini yozib bersin. Deganki men ham shu o'qish tutaganlar tuzmoqchiman dedim. Men qilsam bo'ladimikan? Çatak o'qiganlardan chiqdi. Lekin agar mushu Yaponiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz agar o'zininki o'qish qiyinchiligi bo'lsa, ba'zinglar menga Aşkızanların hikayesini bana hazır bugün anlayan bolsanlar, ya anlap kalgan bolsanlar, ba'zinglar bana şu hikayenin evet bunu ben ministrimiz izlep kırmıyor. Bizge şarayet var, lekin Uyg'urlarimiz bana maqsasma atıdı. Allah razı olsun. Rahmet. İnşallah bundan ki maslashib ketar. Çünkü maslashmaslikda ba'zan masalalarmi bor. Masalan bir Osman Hamid degan bir qarindoshimiz yozibdi. Yaponiyadagilar tashkilot ichiga bo'linib ketdi. Yaponiyadagi Uyg'urlar ikkilanish ishida debdi. Tashkilot ichiga bo'lindi debdi. Buni men bir gap qistirib qo'yay. Qarindoshlar bir davlatda cho'qim bir tashkilot bo'lish kerakmi? Dunyoda bir partiya va davlat Xitoy Kommunist partiyasi. Ma 1 3 4 5 tashkilot bo'lsin bir davlatda. 5 tashkilotdagilar 5 xil gapni ko'tarib chiqsin. Faqat hamkorlashsa yetarli. Cho'qim bir tashkilot bo'lish kerakmi? Magi bunlar xato. Ya'ni bir davlat Yaponiyadagi tashkilot ikkiga bo'linib ketdi. 10 ga bo'linib ketsin mayli bu yerda. Cho'qim bir tashkilot bo'lish kerakmi? Ha? Bo'lansa hammamiz har xil xizmat qilsak, ammo hamkorlashsak kifoya aslında. Türkiye'de neçe yüz teşkilat var, hemkarlaşıldı. Neçe partiye var, hemkarlaşıldı. Devlet kuşluk. Başka devletlerde mi şundak, Amerika'da mı şundak mesela. Bu bir teşkilat bulaş gerek, hemmeden bir teşkilatın içine giriş gerek deyen gapni ben qo'llamayman. Muş gapni anlasam lan bir xil özüm neçe yalnız olup gitme. Xitoy Komünist Partiyasının gibi bu. Hem Çin Xalq Partiyasi kelish gerek diye. Biz bir qancha teşkilat bo'lsak hech nima bo'lmaydi bu yerda. Xo'sh, shu Yaponiyada hamda sizlar asosiy xizmat qilayotgan qarindoshlarımızdan bir qanchasi bor. Yana bir qarindoshimiz bor. Sizlar bor. Yana bir qancha qarindoshlarimiz bor. Vaqt munosabati bilan men hammalarning ismini tilga olmayman. Shu qarindoshlarimiz ishkidan chiqqan vaqtda tilga olaman. Shu cho'nglarimizning qishig'i o'lishini umid qilaman. Ya'ni buningdan keyin Yaponiyadagi Uyg'urlarning. Ablacan Leylama efendimga bersem ben sözünü. Ahir sözlerini alaman. Xalqimizga deydigan gap so'zlar bo'lib qolsa, desizlar men programmani taqayman. Rahmat. O'ylamachiq vaqtlar ketdik. Tayyorliqsiz qilg'achqa ba'zi gaplarni bizlar oldin ola yuzib olib tayyorlik qilmag'achqa ko'pchilikninki shu ekran oldidagi qarindoshlarimizning ba'zilarining ko'ngilini og'ritib qo'ygan yoki xato gap qo'yganimiz aytib bo'lmasin. Chunki bu hayojonimizda hozir hammamizga mikrofon tutib qo'ysa hammamizning kecha vaqtidek ochig'imiz bor. Xo'sh. Endi oxirida men bir xulosalamoqchi hozir qilib shu Yaponiyalik bilan qarindoshlarimizning tashlab chiqib ketdi, ikkiga bo'lindi, gangrab qoldik degan masalasini o'tirib qo'yibdi. Siz nayt yaxshi javob berdingiz. Endi meni demoqchi bo'lgan bir ishim zaten mush narsani men sizga o'xshash uzundan deb kelgan narsa. Xudoyim insonlarni yaratgan chog'da u bizni o o'z sizab chiqargan. Agar Xudoyim zaten bu birlik deganni uncha muhimligini bilmaydigan ish yo'q. Buni agar unday bo'lsa 5 qo'limizni bir tal qilib qo'ysin, qilib qo'ydi Xudoyim buni. Tashki armisini qo'lidan keladi Xudoyimning o bizni yaratgan. Yaratgan iloh. Endi qandaqdir buni 5 barmoq yaratdi. Bu 5'i 5 xil ishlaydi. Ammo vaqtdan vaqt kelganda bu 5'i yig'ilib ma bir tal tomir orqali miyaga yig'ilib bir mush bo'la oladi. Mening da'vatim bu. Bizning millat mayli qaysi shaklda harakat qilsin, o'sha midrab qilsin, ha? Nimish qilsin-da, vatan millatiga xoinlik qilmasa, vatan millati uchun ozosin, chiqosin ishli qilsa, ammo dushmanga qarshi o'qada ma tomir nima bo'lsa, vatanim Sharqiy Turkiston, millatim Uyg'ur yoki Turk, dushmanim Xitoy bu zamindan chiqib ket deydigan bu shuar, mushni yig'itasi yetdi bizga.
Şunlar. 2 milyonga yetmaydigan aholisi var Afganistan. Aleksandradan taki yakında Amerika kirib chiqib ketdi. Rossiya mı 30-40 yıl urush qildi. Ajab tugamida? Şunlar. Kurash qilgan millat tugamaydi. Kurash qilgan millat hech qachon tugamaydi. Fakat bizdagi o'zdek atom bombasi var. Qo'lida muntazam askar var. 1 milliard 200 milyon aholisi var. Aşındak bir çok düşman bilen qandaqdir bir jo'zda o'tirib shunga söhbatlashib deyish orqali tugaydi bu millat tugasa. Endi abay biz ama inimiz deb o'tib ketdi. Tashkilotlar qancha ko'p qurulsin. Abay biz deyishib o'tganda deb o'tmaydi. Ammo bir-birimizning kamliqlarini to'liqlaymiz. Hech kim perfect to'liq emas. Xudodan boshqa hammadan yetarligi bor. Men bu islom dinidan jiq bilimim yo'q, ammo men yaqinda bir narsa oldim. Xudoyim bandilarim xatolik o'tkazsa, men shuni kechirsam deydi ekan. Chunki Xudoyimning eng qo'shildigan ishi bandilarimningki xatoligini kechirishlar so'yinamish. Shundoq. Unda o'zi biz kim to'q? Xudo o'zi yaratgan bandilarning xatoligini kechirib so'yinalaydigan yo'q. Biz kim to'q o'zimizni o'zimiz kechirolmaydigan. Ha? Shunga kechirimchan bo'laylik. İttifaqlashaylik. İttifaqlashganda hammani yig'ib bir suvat ochib butun tuxumni cheplab quloqqa chiqaradigan emas. Buyum işler bir yığılaydı. Başka vakti özümüz halkaya giteyli. Hoş. Her xil anlataylı. Şuna benim en ağır deydiğim yani şu bugün bek dayanlıksız oldu ya. Onu akşam Ahmet'den yaxshi bo'ldi samimiy. Atiga saat 5 kişi xumay bize YouTube nimaga Facebook yana bir narsa so'zlagan akşam biz. Şuna ko'pchilik bizni kechirsin. Agar aldinglarda qattiq qilib yaqib qo'ygan bo'lsam, hammalar meni kechiringlar. Alloh razı olsun. Xudoyimga omonat. Turmayman rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Allah razı olsun. Xudoyim razı olsun. Hammalarga ulug' ro'zamiz bilan sizlarga salom aytaman. Xudoyim bilsa yashashi Sharq Turkistonning mustaqilligi, yashashi Sharq Turkiston xalqining qahramonligi. Allah sizlarga razı olsun. Sizlarga ko'p rahmat. Asl deyishadigan yana jiq so'zlarimiz bor, ammo yana bir qitimliq programmaga to'g'rilashga terishiman inshaalloh. Sizlar chunki nurg'un xizmatlarni konkret deyishmasa bo'lmaydi. Şoň yan bir qitimliq programmalarda Alloh xolos yana sizlarni taklif qilib chiqib xalqimiz bilan kurashtirishga xizmat qilamiz bu yerda. Sizlarga ko'p rahmat va ko'rurmanlarga ko'p rahmat. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Yan bir qitimliq programmada ko'rishgacha men bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat qarindoshlar, hammanglarga, Ablajon qarindishim, Husayn qarindishim hammanglarga va mushu ekanni ko'rgan, anglagan bütün qarindoshlarga rahmat. Alloh rozi olsun. Rahmat. Hoş bulduk. Görüşmek üzere dostum. Hoş bulduk. Memnun oldum. Rahmet. Allah razı olsun.